Salam, ikraldaki qadırlı görümenler. Kocan Groy'unki Çolpalla sadası Naq meydan bevas tarqitish faoliyati orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligi mening xushalligim. Riyosatchi Mahin Ro'zdan hammalarga o'tliq salom. Naytimo güzel daqiqalarda uchrashdik. Balki hammamizning qalbimizda güzel hikoyalar bor. Biz bugun mana intayin güzel xotirlarni qoldirish uchun, hikoyalarimizni so'zlash uchun sahnada turib sizlarga salom yo'llab turibdimiz. Albatta, bugun biz yolg'iz emas. Bugun biz xalqimiz yaxshi ko'radigan, tomoshabinlar alqishlayotgan tirishchan yoshlarimizni, naqshchilarimizni taklif etdik. Albatta bizningki tashviqotlarimizning ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Bugun o'ziga xos naqshlar bilan yoshlarning, shundaqla san'atkor ustozlarimizning alqishiga erishib kelayotgan yosh naqshchimiz Hamid taklif qilindi. Xo'sh, navbatda balkim ekrandagi ko'rmanlarimiz Hamidni ko'rishga taqozo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ekranni Hamidga beraylik. Marhamat, Hamid, xush kelibsiz. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Hamid, mushu Ko'jan Jitvanni o'rlashtirayotgan Cho'lpalla sadasi Naq meydan faoliyatini ko'rib baqdingizmi? Ha, ko'rdim. Bevos tarqishdan ko'rgandagi qandaroq his qildingiz? Bek yaxshi o'qdi. Naqshlar bir-biridan bak sarxila. Naqshlar yaxshi. Meningcha bugun musha kelishdan burun tayyorliqlar qilib puxtuq deb o'ylayman. Yaxshi tayyor. Tayyorliq puxtu bo'lgan ekan, albatta sizga madad belgili kelgan muzikantlarimizni bir tanishtirib etaylik deb o'yladim. Albatta bizning qaltis muzikantlarimizdan mana bu yoqda o'tirgan so'qmi chalg'uda Nabi qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Undan boshqa bas gitarda Iskandar qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Undan boshqa gitarda Erkin qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Hammalarni qarshi olamiz. Mushay bir o'zim yolg'iz o'zim chava ko'raytay. Amaliyotda ko'rmanlarimizga ma'lum. Cho'lpalla sadasi Naq meydan bevos tarqitish faoliyatimiz bir oyga yaqin jarayonda davomlashdi. Bu jarayonda ko'rmanlar Ko'jan guruhininki har xil turlardan bahramon bo'ldi, xabar topdi, paranglashdi, izlandi deganga o'xshash. Undan boshqa Hamidga o'xshash nadir naqshchilarimizningki go'zal naqshlardan huzurlandi. Hamda bugun bo'lsa, men tunji qitim shu Ko'jan guruhiniki bu faoliyat orqali ko'rmanlar bilan yuz ko'rishib turibdiman. Hamidmi menga o'xshash tunji qitim ko'rmanlar bilan mana shu sahnada yuz ko'rishdi deb o'ylayman. Hamid, o'zingizningki go'zal yiqimliq naqshlar bilan ko'nglimizni o'tib kelyapsiz. Ekran oldidagi ko'rmanlarimiz barmoqlarni ishqa selib, Ko'jan bevosita tarqitish supimizni atrofdagilarga tarqitib qo'yg'ash oldi bilan sizning bir go'zal naqshingizni huzurlangan bo'lsa deb o'yladim. Azroq bir badan qiziqash. Tunji naqshidan bir huzurlanaylik. Onun keyindan parangni silishib ketsak bo'lamdi. Bulda unda bo'lsa ekrandagi qadrli ko'rmanlar, navbatdagi damlar naqsha anglash bilan birga bugungi Naq meydan faoliyatimizni tarqitish bosqichi. Tarqatganlarga mukofot bor. Albatta Ko'jan guruhining qanchalik mard ekanligini ko'rmanlarimiz mendan obdan biladi. Shuning uchun to'xtamay tarqitib, gullarni avatib, ilhom madad berib turishinglarni uchun ko'nglimdan umid qilaman. Undaq bo'lsa, biz oldi bilan Hamidning tunji naqsidan huzurlanamiz. Hamid, marhamat. Unda shu butun xalq tunish bo'lgan Ürümçi xalq naqsi demdik buni. Ürümçi xalq naqsi. Naqshdan birini aytib beraylik. Qaysi naqsha ismini deytaylik? Oyyo, men bek yaxshi ko'rman bu naqshini. Qani, marhamat. Çekimden yıldızını izledim. Telmirip men her akşamı asmanla. Çekimden yıldızını izledim. Telmirip men her akşamı asmanla. Tapalmadım tövdeymen özemge. Nime kılsın benim bektim asmanda. Tapalmadım tövdeymen özemge. Nime kılsın benim bektim asmanda.
örgüley qanati ola bulur qarlıgaç qara bulup örgüley qanati ola yaşlıkta bergen küngül örgüley başımga bala bulur koni yarni taşlıma örgüley yenisi aldamçılır neçi vaktin ahurmasam botken neçi vaktin ahurmasam botken hepinsim o senden artık yar bana yapılmaydı benden artık yar sana hepinsim o senden artık yar bana yapılmaydı benden artık yar sana yapılmaydı benden artık yar sana Rahmet dostlarga. Rahmat, Hamid. Bugün rasını etsem, ekran aldığındaki körümenlerge oxşaşlar meningmi bəhcaq suallarım var sizden soraydıgançı. Ben toxtumay sual soraydıgan riyasetçi qiram. Hamid, avazınızdaki şu xaslığını qaçan bayqagandınız? Ben aslı burun gitar çalgançı. Aa. Gitar çalgan naqshini bek tüzük eğitip ketmeydi. Burun deganınız qaçan? Ali mektep mi yoki? Ali mektep o'qatgan vaqt. Aslı şu toluq o'tirdim başlap gitar qiziqib, gitar çalıp, onun keyin ballar bilan aş vaqtlar mektepde yödüylarni qurib o'ynab qildik-chu, faoliyat. O faqat naqsh aytmaydim. Asosiyatni aytmaydim. Gitar chelish bilanla. Gitar chelish bilan. Keyin onun keyin şu Ali mektep chiqqan chaqda o'zimizning cho'ngroq ma bu hamda ustoz darajalik bunda san'atkorlar bilan bir hamkorlashib qoldik-chu, ne chiqdim. Shu hamkorlash jarayonida oshlar menga o'zining ko'z qarashini aytib, ovozingning alaylik va naqshim yaxshi ekansan, nimdam naqsh etmaysan deb shuning bilan budaqi biz burun uyan qo'ygan vaqtda men gitar chalib berdim emasmi? Budaq uyandan boshlab chuqum chiqib bo'lmaydi degan ishga yo uch naqsh aytsa deb majbur chiqagan. Shuningdan keyin hemen İstanbul'daki deb shu pasi aytib ketdim. Demakchi bo'lganim endi chunki yosh naqshchilarimiz ko'p. Har xil xasliqda naqshlarni aytib atadi, har xil naqshlarni aytib atadi, huzurlanayapmiz. Endi sizda birdan bir boshqalarga o'xshamaydigan bir xasliq bor-ku, ovozingizning yiliqi tövan bir holati bor. Rahmat. Rost desam, biz bu yiliqi sarxillikni yaxshi ko'ramiz emasmi, rangdorlikni yaxshi ko'ramiz. Qizil rang, seriq rang, oq rang, rangarang gullarning orasida tursak shunday rahat bo'lib qolganga o'xshash. Ovozlarning ichidami tövan ovozlarni, yuqori ovozlarni anglab turishni yaxshi ko'rdik ekanmiz. Meningcha bugun Hamidniki mushu sahnaga kelgani ko'rmanlarimizning naq seg'ingan yerga keldi-ku deb o'ylayman, Hamid. Unda bo'lsa, qo'shilmayman. Ekrandagi qadrli ko'rmanlar, pay deb o'tganga o'xshash, men bir savol so'rag'ichi, javobni hammamiz tang olamiz. Sizlarning bu qanday savolinglar bo'lsa, mana oldimda turibdi, savolinglarni men ko'rib turman. Savolni to'xtamay so'rab, gullarni to'xtamay alvatib tursanglar, sizlarning ilhom madadlaringlar, savollaringlar bugungi mana shu qisqagina bevosita tarqatish faoliyatimizni texmo avjiga chiqarg'isi, texmo ko'ngillik holatda suhbat olib boramiz. Sizlarga ishonaman, so'ragan savollaringlar pek ko'p. Saqlaymiz hamsa. Hamid, yana bir savol so'rayday. İqtisod boshqarish kasbida nima ish o'qib qolgan bo'g'itdingiz deymanda. Ana maktabda o'qigan kasbingizni bir deytaylik. To'g'ri, shu iqtisodda o'qigan bunun sebebi hem de rast kalsam benim özümninki aynı vaxtki arzu armanlarının birisi şu indeyimiz hazır hem de çoğun yer deydi o. Doğru.
Özüm çoğun yer kısam ki dep oylaydım. Bir ay kirip işleşni rast yapsam hazır geç oylap bakmaptım hem. Onunki müzikin çoğun başka çıkmaya dep oylaydım. Hem de aldı keyinlik var ya bunun da. Aval müzikini kıp kaldı. Hem de kısat okuştaki sebebim birisiga şu ibay degan gidek agar çoğun yer kıp kalsam muştunga esqatıp kalamıkin digen xiyalda Ali mektep tallıgan kesbim ıqsat olup kaldı. Lekin qığıным müzik olup kaldı. Meningcha, iqtisodni har biraylan o'rganish kerak deb o'ylayman. Iqtisod o'rganganingiz meningcha az kundan keyin zoya ketmaydi. To'g'ri, to'g'ri. Shundaymi? Hozir muzikani mana voyaga yetkazib kelib, ustozlarning madadlari bilan naqshlarni aytyapsiz. Tomoshabinlarning yaxshi ko'rishiga erishdingiz. Endi mushu o'zimizniki qimmatini iqtisod bilan bog'lab turib, obrazimizni texim yuqori ko'taramizda. Kim biladi mushu muzik sohasida o'xshamaydigan darajada iyilikdan birini tiklamdik texi. Mening ashta arzularim bor. Albatta. İşlərinizin texim nəticəlik bo'lishini umid qilamiz. Hamid. Undan boshqa, men mushu minnatdorlik so'zini bek yaxshi ko'raman-chu. Ihra oldidagi bizni qo'llayotgan, bo'libmi mushu Kujang bevosita tarqatish ko'znigi orqali naqshchilarimizga ilhom madad berayotgan barliq ko'rmanlarimizga rahmat aytishdan boshqa yana mushu sahnani hozirlagan Kujang guruhiga rahmatimizni aytishimiz kerakmikin deb o'ylab qoldim. Hamidni bayqab, mana mushu yerdagi ustozlar, iyilik tiklayotgan, tirishchan do'stlar deganga o'xshash shirkat rahbarlari Hamidning naqshlari orqali biz Kujang bevosita tarqatish supimizni texmi jonlantira olamiz deb o'ylaganning o'zi bu bir sizni bayqab, sizni qo'llig'ini deb o'yladim. Shuningcha Kujang guruhiga sizning tushanchingiz qandaqroqdi? O'sha yerda bir shirkat to'g'risida bir paranglashaylik 2 minut. Oldu bilan mushu budaqi, mushu bevosita tarqatishga taklif qilib akagini ko'pdan ko'p rahmat. Adimisim to'g'ri. Mushu nurg'un muzikantlar bor, nurg'un artistlarimiz bor. Shunaq. Hattoki nurg'un iqtidorlik bizniki mayli hozir yosh bolalar bo'lsin, yetilayotgan bo'lsin yoki yetilib bo'lgan bo'lsin. Endi mening o'ylaganim nurg'unlar boshdan oyoq o'ziga tayinib bir boshqa achqashini atayinchi bu. To'g'ri, to'g'ri. Hamkorlik bo'lishi kerak. Birsiga o'zida bir kuchli bir töndu deymiz. Bir aşında bir grubu buluş gerek. Yeni birsiga uningdimi bakroq muhimi shunda bir qaraqanlar. To'g'ri. Bu mushu güzel sanat, mushu xil madaniyatni bir qo'llaydigan, mushuni taraqqiy qildasam, mushu artistlarga tegimchi sharoitlarni yaratib bersam deydigan mushta qaraqanlar bo'ldi. Endi Kujang guruhi aşında bir şirketlarning birisiga men rast yapsam mushta şirketlarning tegim ko'p bo'lishini, korxonalarning ko'p bo'lishini bek umid qilma. Albatta. Eng güzel tilaklarimiz mana bu yerda Kujang guruhi uchun. Unda bo'lsa mushu bevosita tarqatish faoliyatimizni ko'rayotgan barliq ko'rmanlar. Kujang deb yozib aytinglar, mushu yerga yoza olasizlar-ku yoki gul avatib aytinglar, sizlarning ilhom madadlaringlarni bir ko'rib aytaylik. Bugungi o'xshash sharoitlarni hozirlab, ko'rmanlar bilan san'atkorlarni uchrashtirish fursatini hosil qilgan shirkat rahbarlariga chin ko'nglimizning rahmatimizni aytamiz. Uchur yollayotgan hammanglarga rahmat. Ovoz töven deydi-ku. Hamidning ovozi tövenmi, meningmi? Uchur berib turinglarmi? Chunki xitinglarni men ko'rib turman emasmi? O'ngshaymiz. Kamchiliklar bo'ladi, yetersizliklar bo'ladi. Bo'sh bo'lib qolsa, yuqori ovozda gap qilamiz, yuqori bo'lsa bo'sh gap qilamiz. Sizlarga eng yaxshi ko'rish, anglash tuyg'usi ato qilish bugun bizning vazifamiz, yuksak burchimiz. Shuning uchun qandaq savollar bo'lsa, hay rahmat. Chavaklarni, alqishlarni avatgan barliq ko'rmanlarga chin ko'nglimizning rahmatimizni aytamiz. Rahmat sizlarga. Unda bo'lsa, mening ovozim to'van bo'lib qoptimi, boyam. Hamidning ovozi to'vanmi ko'pchilik? Aytqandimi? Hamidning ovozi bo'sh deydi. Ha. Gap qilgandiki ovozga. Ma'qul, ma'qul. Yetkizdim, vazifam tamam. Endi Hamid ijrosidan naqshidan birini anglaymiz. Hamidning endi ikkinchi aytmoqchi bo'lgan naqsini riyosatchi Mahinro'zi talab qiladi. Hamidninki yaqinda tarqatilgan bir ijodiy kuyi bor. Shunchalik chiroyli. Ya'ni bir hikoya deydigan. Bu naqshini tarqatgandan keyin nurg'un inkaslar bo'ldi-ku deyman jamiyatda Hamidda. Nimishqa burunroq shunday ijodiy naqshlarni aytmaysiz degan savollarni keldi-ku deyman. To'g'ri. Burunmi nima endi bayliqi burunmi aytgan. O'zarachu aytgan lekin endi ma tarqatilgan fursat bo'lmay qolgancha. To'g'ri, to'g'ri. Balkim ba'zan ko'rmanlarimiz biladi bir muzikani yezib chiqish bilan birga uni
işleymiz, genç yıkıldı. Doğru. Onu işiltidi, luyinleri var, ün kaldan işleri var, hoçi mix kıldan işleri var, master kıldan. Ben nurgun emniyet pek mürekkepçi. Xısatım ketidi, ibay şoğun ben o digenim bozmuş güzel sanatını kollaydıgan karkanlarına tegimçi kılışını ümit kılma deyişimlik sebep. Hakikaten bu muzikalar emas. Bütün güzel sanat, rakandığı xısat pek ketidi çoğu. Doğru. Bu mu yaxşı nas qilish uchun chiqaraq iqtisodni ko'proq ketadi. Ko'proq ketib qoldi. Shu nurg'un sabablar tufaylidan hamda fursatlar bo'lmay qoldi burun. Hamdadan boshlab shu birdan ikkidan tayyorlik. Men o'zim necha yilning yoqi ham yozgan naqshlarim xili chiqib qolibdi shu. Hamda yig'ilib qolibdi. Biroqlam bir trenchiglam tutish qilay deb birdan ikkidan taqib mingwatim. Unda bo'lsa bugun mushu munoyat yaxshi bir fursat deb o'ylayman. Ko'rmanlarimizmi shu naqshingizga intayin taqozo bo'lyapti. Unda bo'lsa navbatda muzikantlar bilan birlikda bir hikoya degan naqshni anglaylik. Bo'ldi. Marhamat. Könglimge behiş iter, yıkımlık güzel çekrin, Segitkendi küzning şameli. O en yaxshi teselli, mehirlik bekişlerin, İllitarsan kalbimni menin. Amanlığın bəxtim, bana haberler bergin. Yürek barem unutup kalmığın. Riyazet çekkende isengdimen bolay. Emminin olsun takdir sen, yenimde kalgın. Şaydi keşküzge Kahritandım o birge Kirek gemez vedem bizge Memnun kıydı cilim Her bir tatlı gülüşlerin Asminimde her daim Kuyaş kebi palıkın erkin Könglimge behiş eder, yıkımlık güzel çekrin, Segitkendi küzning şameli. O en yaxshi teselli, mehirlik bekişlerin, İllitarsan kalbimni menin. Riyazet çekkende isengdimen bolay. Emmin olsun takdir sen, yenimde kalgın. Bağrıda muhabbetinin buluşaylı keşküzge Kahritandım o birge Kirek
beklemez vədəmizgə Məmnun qilidu cilim Hər bir tatlıq gülüşlərim Bu hayatımın birlasen hikayesi bulğun Bu hayatımın birlasen hikayesi bulğun Rahmet. Rahmat. Hamid sizga rahmat. Men bir gapni deytayam shu yerda. Mushu bir hikoya degan ismni men bek yaxshi ko'rib, amaliyotda bu yil qishda bir program ishlayman deb tayyorlab qolganchu. Shuning bilan keyin naqshini ko'rib qoldim. Bir hikoya degan naqshini ko'rib qilib, to'xtamush Hamid bilan marketlashgan bo'lib qolmay deb to'xtab qoldim. Ben sizden aldığınız çıkırıptım ben. Siz oldin chiqib oldingiz shu. Amaliyotda balkim naqsh bilan birlashgan bo'lsak ham go'zal ish bo'la bo'g'iydi. Keyin yana go'zal ishlar bog'i birga qilamiz deganga o'xshash. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Hozir qarsam o'sha bizningki Uchur rayonida Kujan guruhininki har qaysi noya shaharlardagi tarmoq shirkatlardan uchurlar yezilyotidi. Hammalarninki tirishchanligiga apirin, tarmoq shirkatlarninki natijasining texmi go'zal bo'lishi uchun naq maydonda turayotgan naqshchi Hamid, shundaqla barliq muzikantlar hammanglarga chin ko'nglimizning eng go'zal tilakimizni yo'llaymiz. Ishlaringlar texmi natijali bo'lsin, teninglar salomat bo'lsin. Rahmat, ilhom, madadlaringlarga. Rahmet hammalarga. Rahmat. Hamid, dastlabda naqsh aytgan vaqtingizda siz xalq naqshini yaxshi ko'rib aytamdingiz yoki bo'lmasa yana o'zingizning ovoziga tushadigan hozirgi zamonaviy naqshlarni yaxshi ko'ramdingiz? Men to'liq shu zamonaviy uslubdagi ham bugun bu masalan shu muzika tarafning ma'altinchi nima deymiz tension yu aralash emas shu hammasi man puchadian deymiz masalan shangu anda dumbaq masalan shangu so'xma mayli anda chatma dumbaq bo'lsinmi biz hozir hech qanday elektronlik asbob shougochi deymiz u narsani ishlatmadik puchadian chaldikda agar masalan mening haqiqiy yaxshi ko'rdigim puchadianim yaxshi ko'rma lekin bekrak yolgun deymiz rock deymiz funk deymiz bundan narsalarni bekrak yaxshi ko'rmanchi shu burundan tortib chiqroq aytib kelayotgan narsalar shu ham chatning narsalarni ilg'or yaxshi muzikalarni chiqaroq o'ginib chap hamda hozir kelgan chog'da asosiyatdan o'zimizning narsani bir o'zgartib qilib boqay deb qachon olgan bo'lishimiz mumkinligi o'tgan yilmi 2019-yilmi bir o'zlashtirib chiqargan nurg'un naqshlar bor hammasi logo Xinjiang deb yanglab aytgan shuning yaxshisi unkin biz shu bekroq o'zimizning mayli xalq naqshlari bo'lsin mayli koniylik chingdian naqshlar bo'lsin ashlarni bir yaxshi ijodiyatlar nurg'un chiqchi shularni unkin shu o'zlashtirib bir aytib sinab boqay deb shu bitta hozirgi teg'imi bekroq ma'nosidagi yaxshi kirishib ketib qoldingiz da. Unda bu sizning bekroq yaxshi ko'rdig'im yana hozir mush uslubdagi naqshlar. Unda bu sizning nazaringizda xalq naqshini aytish qiyinroqmi yoki mushu albatta xalq naqshini aytish qiyin. Ashtama. Lekin nurg'un yosh naqshchilarimiz unda qarmaydi ekan. Chunki zamonaviy naqshlarningki yanada qiyinlik darajasi yuqori muzikantlar bilan birlashtirib aytishda deb. Balkim ilgir keyinlik bo'lishi mumkincha chiqlar nima deymiz o'zimiznikidan boshlab keyingi olgancha teg'ama hamda o'zininki muzika uslubini deymiz sarxillashtirish uchun zamonaviy narsalarni buning aralashtirib deganda qanday ilgir keyinlik bo'lishi mumkin. Men o'zim dastlabda aniq emasman. Zamonaviy uslub demdim. Dastlabda aniq hozir ham keyinda o'zimizning narsalarga o'tgandan keyin balkim shu ilgir keyinlik. Men shaxsan men uchun xalq naqshi qiyinroq. deb o'ylayman. Shundami? Puroqlar bo'lsin. Meningcha shunday. Puroq ig'ir puroqlar bor emasmi? Akkordniki mingish deymiz, udar shakl deymiz. Bu qat'iy o'xshamaydi. To'g'ri, to'g'ri. Meningcha xalq naqshlarini aytishingiz kerak. Aytishimiz kerakmi? Aytishingiz kerak. Bak yaxshi endi boshqa naqshlar bak chiq amaliyotda. To'g'ri. Bunda qilaylik. Albatta bugungi shu naq maydon tarqatishimizni mana bir oyga yaqin davomlashdi. Kujan guruhininki naq maydon tarqatish cho'lponlar sadasi faoliyatimiz hozirgacha bir ishik
bilet yoki bo'lmasa ko'rish bileti degan ahvollar bo'lmadi-chu. Haqsiz tarqatilyapti-da endi. Bu bek yaxshi ish bo'lyapti. Ammo endi chiqib so'zlashib naqshini aytib versak, meningcha qimmati bo'lmaydi deb o'ylayman. Shu yerda shu ko'rganlarimizga 2 minut tarqitish vaqti beraylik deb o'yladim. Sizlar hozir shu ekran oldidagi qadrli ko'rganlar, bugungi shu naq maydon tarqitishni to'plarga yo'llab chambaraklarga chiqamsanglar, Hamid naqshi aytmaydi. Shuninglar men ketkin qo'ymayman, o'ltiramiz bir-birimizga qarab shu yerda muzikantlar bilan. Shunda bir hikoyalar bor shu yerda. Shuning uchun darhol barmoqlarni qilamiz. 3 ta chekitni cheksaklar, tarqitamsa degan yer chiqadi. Ha, deymiz ketadi-chu. Shunchalik oson. Tarqitganning o'zi biz uchun eng chong qo'llash. To'g'ri, qo'llash. Endi undan boshqa nima uchun tarqitimiz degancha bu yerda bir naf yetkazish yoki manfaat yetkazish ishlari yo'q. Hozirgacha bir mol setish ahvoli bo'lmadi. Yoki bo'lmasa qiziqtiradigan boshqa bir alayda zodi akirmasak bo'lmaydi odamni deydigan ish yo'q. Bu yerda mushu bevos tarqitish orqali go'zal naqshlarni xalqqa sunish, san'atkorlarni tomoshabinlarga texmi tonishtirish, ham shundaqla Ko'jangroyninki yangi xalqqa foydali bo'lgan turlarini yetkazish bo'lyapti. Shuning uchun tarqatgan vaqtda go'zal naqshlarni anglashni yaxshi ko'radigan shu do'stlarimizga, atrofimizdagilarga bir yaxshilik qilganimizmikin deb o'yladim. Amaliyotda nurg'un ko'rilmanlar mening cho'g'anda, yenilam shu bayl naqshbonlar bo'lsin yoki ustozlarimiz bo'lsin. Çoxum aşlanıki naq meydan aytqinni bakroq anglag'isi keldi deb o'ylayman. Albatta. Hamda hozir hamda shu hisobda taraqqiyotda shu. To'g'ri. Hay nima degan qulaylik ha. Bun degan falan pulga app biletni, falan berib qisilishib kirib o'tirib kras kirdi to'g'ri. To'g'ri. Biletlar yo'q. Chekimlar yo'q. Udul chekib kirib ko'ra. To'g'ri. Meningcha bak yaxshi ish qilib, tegimi davomlasa deb o'ylayman oxirgi. Bag'an sirchi tegimji ishda To'g'ri. Shingshi. Tegimji qaraq bo'lsa deb o'ylayman. Albatta, bevosita tarqitishlarniki texmi ko'p bo'lishi uchun ko'rmanlarning qo'llashi hamda muhim deb o'ylaymiz. Rahmat hammalarga tarqitib qo'yayotganligingizga ishonamiz. Naytimiz sapaliq, bilimlik, san'atni tushunadigan ko'rmanlarimiz borki, hammalarga cheksiz ehtirom, minnatdorimiz. Undaqda navbatda Nabining yana bir naqsini anglaymiz. Xalq naqsini gibi qilib qoldim hamda. Biraz qilsam xalq naqsi esaq bo'ldi, lekin ma'ni hamda bolalar bilan kavamaganchu. Xalq naqshilar nima? Lekin yolg'iz anglasam bo'ldi-ku. Muzikantlar armoq ashtusi bo'ldi shunami? Hech qisi yo'q. Biz mushta o'ltirib anglaymiz. Tomoshabin biz sahnadagi. Sizga eng yaqin oladiki tomoshabin biz. Bo'ldi. Unda biz navbatda Hamid ijrosidan anglaydiganimiz Men ölərəm. Qani, mərhəmət. Bəlkə cıq dostlarımız anlagan buluş mümkün. Anlagan. Cıq gəldi çoxmuş naqşını. Kəşlik işləyətqan vaxtlarda cıq gəldi naqşını etpəgində. Anlaydım. Mən bək yaxşı görmə bu naqşını. Mən degan naqşını təqdim qılay. Buldu. Mərhəmət. Men ölerim, men yolda koymanglar, vay meni. Men ölerim, yolda koymanglar, vay meni. Yolda koysanlar koyum, vay çün.
Yoldu koysanlar koyum, vay çıldı koy, çıldı koymanlar, vay meni. Men ölüp toprak diyor, sam kimini yad eylesin. Men ölüp toprak diyorsam, kimini yad eylesin. Dostlarım hemkin bu düşmenlerim şad eylesin. Dostlarım hemkin bulum, vay düşmenim. Düşmenlerim şad eylesin. Düşmenlerim şad eylesin. Düşmenlerim şad eylesin. Rahmet. Rahmat. Eyliqi şunchilik qiyniq damlangan bir çaylaba, naq shu usg'an yerga boradigan. Shundaqdek his qildim. Amaliyotda yoshlarning ichida xalq naqshlaridan huzurlanoladiganlar nihoyat ozchu. Cho'nglarimiz haqiqatan huzurlanib, shu huzurninki ichida go'zal aslimlarga, go'zal xayollarga ketib qola oladi. Yoshlarımızda ay güzel chiroyli naqsha jumu deb qoladi, lekin huzur bek oz. Ammo shularning ichida men intayin huzurlanadigan tipdanchu. Tutatan bir lavlan chasib, bek bezir. Menimcha gitar bilan bek chiroyli chiqdi bu naqsha. To'g'ri. Hamda nima o'yliqi, bu ham zamoniylashtirigan bulamdiq. To'g'ri. Aslida biz muzika tarafdan chalamisak, teg'imi o'xshamaydigan bir narsa chiqdi. Hozir bir gitar bilan chaldim. Lekin buningga hamda keyinchi fursat topib qolsa, mushu o'zimizning bu milliy muzikalarni aralashtirib, hozirgi zamon muzikalar bilan tanqisib, bu bek o'xshamaydigan. Albatta, shuningga taqozomiz. Menimcha bugun nihoyat go'zal chiqdi. Bir gitar bilan o'zingizning ovozi texmi bir namoyon bo'ldi deb o'yladim. Rahmat. Hamid. Uning ustiga muzikantlarga ozroq bir orom berdiqchi baydan beri. Muzikantlar rasizm az bo'lgan bilan nihoyat soz muzikantlarchi bugun kelganlar. Men taniyman hammalarni. Bir-biridan yaxshi bolalar. Bir-biridan sarxil bolalar. Bo'pmi kasbda bir-biridan. To'g'ri. Men mushlarning ichida Iskandarni tilga olay deb o'yladim bugun. Iskandar o'zi naqshimi aytadi-chu. Naqshlarni biz radiolarda o'rinlashtirib, tashviq qilib kelayotgan. Uning ustiga sizga o'xshash nurg'un yilqi xasligi bor naqshlar bilan birlikda o'zininki shu bas gitarga alaydigan namoyon qilib kelyotdi. Baydan biri aram elish fursati berdim. Rahmat. Salom bo'ldi maqan. Bizning mau erkin
Erkin. To'g'ri, Erkin to'g'ri. gitarchimiz Abay aqıma yardımlaşıp akord avazlarını hep qilib Ha. Bu yaman yaxshi naqshchimiz o'zimizning. Ha, Erkinning naqshitqini bilmaydi ekanman-jimu. Masalan biz endi bu bir muzika tarafı keşkleri uyanlarga berip müzik chap qilamiz-ku. Asosiy uchimiz. Xo'jan qilib aytdikmi? Ha. Amlashib aytamiz. Uning ustiga Nabimi universal ekan, ha. Oldida bir muncha sazlarni birdan bilam. Ko'rib boqma usulni yomon pez o'ynaydi. Ashtama. Usullik naqshidan birisi kilam tuxya. Chaq. Am deyman go. Bundoqni menchilaysan o'ynamsak. Qarsam hammalar muzikalarni almashtirib bilan xili ishlarni qilib yetadigan chiray bu yerda o'ylasam. Shunami bir-biringlarning muzikasini chaplamchu. Ba'zida men bas gitarni men chap bermay Iskandar gitar chap Iskandar gitar chap naqsh aytadi. Mana nim degan yaxshi. Ay hamkorliginglar texmi yaxshi bo'lsin. Uzundan tatib bildi, chavatimiz, bildi hamkorlashib qilyapmiz. To'g'ri. Sizlarga rahmat muzikantlar, japa chekdinglar. To'g'ri. Muzikantlarning tirishchanligi, muzikantlarningki mush hamkorlik tarafga alaylik bo'lmagan bo'lsa, balkim baydan bir anglagan naqshlarimiz unchalik go'zal chiqmas bo'ldi. Shundami, Hamid? Xo'sh, unda bo'lsa, Hamid ijrosidan ko'rmanlar xo'sh bo'lgan bo'lsam, yoqtirgan bo'lsam. Ko'rmanlar xo'sh bo'layotganmidi? Bir qaraytayman, biz o'zimizning paranglaridan bo'lib ketib qoldik. To'g'ri. Hozir qandaq desangiz, bizning ma'vu jiboni ko'rayotgan ko'rmanlar ichida, asosan Ko'janguroyninki har qaysi noya shaharlardagi tarmoq shirkatlardagi xizmat xodimlar bek ko'pkanchu. Yakan, Yengsar, Kucha, Qarqash tarmoq shirkatdan salom. Masala so'ramoqchi bo'lsanglar, ma shirkat, ay nima degan, sizlar fursatdan bek yaxshi foydalanansizlar. Lekin shunda bo'lgan yaxshi-chu. Ko'janguroy shunda yaxshi bir sharoitlarni yaratib berayotgan mazgilda ko'rmanlar shuarlarni eng yaxshi tashviqotlarni qilib berish kerak. Aqlliq hamkorlashuvchilar bor ekan, Ko'janguroyda. Rahmat, intayin xush bo'ldik degan fikrlar keldi. Hammanglarga rahmat. Biz ham xush bo'ldik. Unda bo'lsa, navbatda men bir misra naqshini aytaman. Bu naqshining qaysi naqsh ekanligini ko'rmanlar topidi. Naqshini yaxshi ko'rgan yasachiman. Qalbimdagi go'zal yulduzim canan. Agashmamsizlar deyman. Erkin. Tushmaydi erlarning ayollarning ovozi bir yerga. Ko'rmanlardan qaysi naqshi? O'zinglar shu. Aytib aytam sizga chappasak. Ya tekst o muzikalar tushirib aytib kelsam bu yerga yasachilik qilolmayman. Mikrofonim ochildi, esingizda bo'lardi. Abaydim aytilib qoldi ekanman. Yeli sizlarning ijroinglarni anglaylik, lekin ko'rmanlarning bir javobini ko'rayman. Bu qaysi naqsha? Nechinchi yillarda anglagan naqsha? Bu naqshini men esimda qilishcha o'qiyotgan vaqtlarimizda, to'liq o'tirib o'qiyotgan vaqtlarimizda anglagan. To'g'ri. Uchuringlarni saqlayapmiz, jimo chaqqan bo'linglar. Chaqqan. Baymining aytqinim qaysi naqsha? Güllaringlarga rahmat. Güllaringlarga rahmat. Oldin qasrda edim. Rasbek konu naqsha bu, ha? Kona 2000-yillar. 2002-yillari. 2002 nahmen to'liq o'tirib yangi chiqqan vaqtlarimiz, chiqmagan vaqtlar. To'g'ri debdi ham 21-asrga yangidan kirgan vaqt deydi. Top-to'g'ri. Unda to'g'ri asr bo'yicha xiyol qilgan yerga kelibdi, jimo. Asr sanaydi biz yil sansak. Yulduzim canan, oyo, mana javoblar keldi. Yulduzim canan, bu naqshni nimishqa yaxshi ko'rdigandimiz degan vaqtda hammamizning shundaq bir muhabbatlarga g'arq bo'lgan bir vaqtlarimiz bo'ladi ekan. To'liq o'tiradigan vaqtlarda, oliy maktabdagi vaqtlarda yoki o'qish bitirgan vaqtlarda deganga o'xshashchu. Bu naqsh naq shu muhabbatning ilkida yashayotgan vaqtlarimizni bizga hamroh bo'ldi ekan-chu. Cho'nglarimizning yoshligiga hamroh bo'lgan, shu vaqtdagi yoshlarimizningki naq shu o'qish hayotiga hamroh bo'lgan deganga o'xshash. Unda bo'lsa, bugun bizning aslimlarimizga hamroh bo'lsin. Yulduzim canan degan bu naqshini navbatda anglamay qo'ymaymiz. Men buna bek yaxshi fursat bo'ldi cho'rasga qilsam. Abay ma Erkin bilan Iskandarni bir mo'ch maqtib o'tdim-ku. Tang aytimiz, yaxshi aytdi deb. Nim naqsh aytpas ular deb. Cho'qim aytpamiz. Tang aytadigan fursat yaratish kerak deb o'yildingiz. Tang aytadigan emas. Mush naqshni ayrim bali bek yaxshi aytdi. Erkinma? Erkinga aytqizmamda. İşte billaysanlarchu. Ama aytishmasam bo'ldi. Aytib beramsiz. Azroq unutib qolganda bo'ladi. Tamamen bo'ladi. Mushu Erkinni bir qizg'in qarshab
Şu nakşını bir erkin orundap berdiğinga. Merhamet, albatta. Albatta. Şu bandı men birden arama var. Erkinning mikrofonini azroq ovozini ko'tarib yetaylik. Bu naqshni anglovchilar ochiq, yo'riq holatda anglamasa yig'ilib yetadi. Rahmat ko'pchilik. To'g'ri shu naqsh shu. Navbatda biz bu naqshni Erkinning ijrosida anglaydigan bo'ldik. Mikrofon sinab boqamsiz Erkin? Voy. Bo'p qoldimi? Ha, qiynamiz. Marhamat. Gönlümdeki güzel yıldızım cana, yürek suygen kunduzum cana. Sen bulgaçka menşa yaşaymen hama, yürek suygen nur bulup cana. Gönlümdeki güzel yıldızım cana, yürek suygen kunduzum cana. Sen bulgaçka menşa yaşaymen hama, yürek suygen nur bulup cana. Söygen canan, köygen canan, sen bulgaçka men şataman. 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 Rahmat. Rahmat. Hay Erkin yaxshi naqsh tikajimi? Rahmat. Mana shuni qaytadan huzurlandim men. Amniyatda bu naqshni har xil o'zgartib aytib aql bo'ldi ekan, ha? Hamida. Bazı paleo, udar şeklini özgertip bu yani okşmaydan her ben bununla. To'g'ri. Ajab chiroyli naqsh ekan. Hozir şu en neyimiz
Çiçoylık en asas cuma şu Liuxin yönem. Liuxin aleti çaldık. Başka ben özgersek mi buldu? Bek çıraylık ettiğinler. May geldi. Nurgul'un o belgisi geldi. Rahmet. İkraldı görmeler sizlerge rahmet eytimiz. Erkenin aksını anladık. Hem de Nabi'nin usulünü görsek. Nabi'nin usulünü görsek. Rastlısam Nabi'gim şunda dikkat kıldım ki. Ben sazlarını ben ismini bilmeydikken ben müzikalarının ki. Soxma dumbaqda ben üstüdekini bildim hem de o soxmalardakini. Ben astadaki ekranını müşiyage bir bireylim ki operatörler. Müş ekranını müşü Nabi'ni aldığı bir bireyler bu tamaşabilarga bir tanıştırıytayıl dep oyuldum. Çünkü düşünüş gerek. Yaxşı görüp anlagandaki müzikalarını bir düşünüveriş gerek. Bu zaten ismi nima bu müzikalarının ki? Mani mesela aslı kim o çökelek durgan. Perdedek. Fınlığın deyimiz. Şamal Kongo. Onun kim onda çıkıdı. Hay bekçiraylık ya avazı bunu. Nimde soğukmu çalgı deyimizse bu asas çatayık bir-birsiga tegip avaz çıkıdığan çalgılar emas mı? Şuna soğukmu çalgı buldu. Ben üstüdekini namiyliqi soğukmu dumbaq. Bunu hem de Degenge oxuştu. tersiga oxşaydı go. Sen ma çatmadım baktım ba. Çatma dumbaq. Doğru. Crash mesela Crash deyimiz. Manında tegiminik manında azı birlamçı. Tapiyaniga ortak isim. Mesela Crash olsa, Splash olsa. Mesela anında ding ding dep ba. Mesela çıxa dep ba. Bunun mu türü oxşmaydı? Doğru. Ondan keyin o'ltirib olgan o'rindiqmi bir muzika qo'ydaymi? Eng muhimi Aşı eng muhim ekan ha. To'g'ri. Bir yoqqa ketmisin. Cho'qim ko'tarib yurasiz-da buni ya. Birsiga qimmat bu narsa. Yana birsiga ma bu qulaylikchi. Şunu endi yo'qotib. Buni dumbaqdam Ani bunimi. bir sektamaydi, mani ko'tarsamaydi, shuni o'tirib chaldi. Shu o'rindiq deb qarag'udakmiz. Cajon deydi. Bu o'rtaq ismi. Nemo Shangu Hanzucha. Shangu. Davlatimizda Shangu. Sanduq o'xshaydi emasmi? To'g'ri. Sanduq. Shu sanduq. Sanduqlar degidek. To'g'ri. Eshikni chiqar. İçi ko'ngma. İçi qattiq chaqchaqyapsizlar ko'rimi. Menga emas ko'rimanlarga chaqchaqyapsizlar. Ameliyat ma anda keyin o'tirib qoldi, oldida o'tirdimiz. Mikrofonni bergan bo'lsak ishi bor ekan-ku. Biz o'tirib ko'rsak yaqin. Ya mushta bo'lish kerak-ku. Qetib olishning faqat hojati yo'q. Ko'ngillik bizning asos jihatdan nima deyman, ota-onamdan chiqaroq men kunda birga bo'lgan Muzikantlar bilan. Vallahi desak bo'ldi. Sal turib mush yerdan tushibmi yana faoliyatga yana mangsizlarga birga shundami? Hamkorliginglar texim yaxshi bo'lsin. Rahmat. Nayt sarxil muzikantlar yig'ilibdi. İşte bizningki endi bir ishlab qo'yiblarmi deblam maoshimizni deblabki unda emas. Haqiqatan yaqin o'timiz-chu. Shunda ko'ngillik. Men bu endi mush bolalar bilan izchil birga chavatman shuna. Yaxshi bolalarni yig'ibsiz. Ayrılmay hesapda ya birasimiz amlish baxmıdıq, ya birasimiz amani qism deb özümüzün yaxshi ko'rgan ishlarini tashlab baxmıdıq. Anda ish bo'lish chiqib keldi. Iqtisodni yaxshi ayirib ketyapsizlar. Iqtisod boshqarishda o'qigan keyin. Gap shu yerda, shuni ayrilg'ili bo'lmaydi. Hamma ishlar aniq bo'lish kerak debchi. To'g'ri. Hisobni takamdan qildi demamsan. Ashta bo'lish kerak. Shuna bo'lgan vaqtda uzun g'oman qilib bo'ldi emasmi? Bu endi cho'qim Bo'lish lozim kerak. Bayanmi ne chiqdim deb o'tdim bu. To'g'ri. Hammamizga bo'lmas bo'lmaydi narsa. Bu muzikatga tegmabek bo'lmas bo'lmaydi. To'g'ri. Undan boshqa yana bunalmiz hammasiga shu qisqa ketgan narsa. To'g'ri. Yana bir yerga jam bo'lib uzungacha birga mengishning yana bir asosi bo'lsa, o'rtaq bir orzusini bo'lishi deb o'ylayman. Güzel naqshlar orqali. Ben qandaysınız ma bu chatnik Metallica deymiz, nurg'un yilqi loqayma AC/DC deysiz. Bekkilik hozir 60 necha yosh 70 yosh kirib ketgan qayerlar hisobda. Hozirga yosh vaqtidan tortib 20 necha yosh vaqtidan tortib hozirgacha 30-40 yil birga chap, birga davomlashtirib hozirgacha minglar. Men pek havas qilmayman. Shular ulgi bo'ldi-da bizga. Men bu bo'lsa shu keyin qayersak meni davomliq birga yana bir müzik chap o'ssak. Yana bir yakalsak, shundoq bo'lsin. Bu bir güzel xatirda. Shunda bo'lsin, shunda bo'lishini umid qilamiz.
yanıla güzel niyetler bilen, güzel arzular bilen bezilgan qadam uzunga mağdu dep oylayman. Meningcha sizlarninki qılıbatqan her bir işleringlarda ortaq bolgan bir mijoz xarakteringlar bor sizlarda. Bu qandaq degan chaqda naqshini aytib elishlar emas-chu, sahnaga chiqib elishlar emas, eng yaxshi holatda aytib tomoshabinlarni, ko'rmanlarni bir huzurga ega qilish. Aytgan naqshimizdan bir huzurlansa harduq shu deydigan bir sizlarda o'rtaq bo'lgan bir mijoz xarakter bor-chu. Shu tutib tura oladi. Anlığanla oturup mesela şunda ya dikkat qilib zehni qo'yib anglasa, ya komisi mesela alqışlarını berse, ya komisi elqi chifim shuna yaxshi ko'tarilgan hammadan muzikatning naqshlarning hodiga chiqadigan ish shu. To'g'ri. Mushaga bir chavak. Gerçi naq maydonda tomoshabinlar bo'lmasimi? Bevosita taqti tushib qoldi lekin. Lekin chavaklarni to'rlarda belgili bo'ldi. Baydan bir behjiq gullar, qahvalar, chavaklar kelyotidi. Vaqtida qarayolmay qoldik ko'rmanlar. Rahmat sizlarga. Muzikantlar nomidan, Hamid nomidan chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman. Rahmat sizlarga. Unda bo'lsa, Hamid, baydan beri naqshlarni men talab qildim. Hamda o'zingizning tanlashi bo'yicha naqshida yana birini anglaymiz. Emas. Başqa ne? Undası, evet tezrak bunda bir çifin götürgen bir neçe lamdı. Nabi usulur yagan naqshidan bir ne? Şu ama aslında ben yeni bir dumbakçı bilen çağırıp alsam bop diken. Bulatdı. Bir usul dep düşürüp. Hiç qısı yo'q. Buludu. Coşkunroq naqshidan. Tamaş bilan so'rab baqsaq, ma bu hozirgi zaman uslubidagi naqshidan birini aytamdiq, yo bo'lmasa Lopez uslubidagi bunda sal aslimlik naqshlardan. Shoqaroq aslimlik mundaqaroq naqshi aytamdiq. Şunun qarta ikkidan birini tanlay. Tanlayli ya. Ay rahmat. Behjiq guldaslar kep ketdi. Muzikantlar. Bu da tanlash nima shu ko'rmanlarga. Tomoshabinlarga berayli, ha, ko'rmanlarga berayli. Undaqda zamonaviy uslubdagi muhabbatlik naqshlarni, lirik naqshlarni anglashni yaxshi ko'ramsizlar yoki jo'shqun holatdagi bizning aslimlik, biz anglab cho'ng bo'lgan shu go'zal naqshlarni anglashni xohlamsizlar. Yangi naqsha yoki kon naqsha deb tanlanglar, ko'pchilik shuni qartalar ayrili. Yangi naqsha deganlar birini bossin. Kon naqsha deganlar ikkini bossin. Yangi naqsha deganlar birini yo'llanglar. Konu naqsha deganlar ikkini yo'llanglar. Bo'dim ushta o'ynaydi-ku odatda. To'g'ri, amniyatda ushta bo'lish kerak-ku. Sho'x naqsha, sho'xroq. Men desam demasam sho'qaroq deydiganlar cho'qimchiq. To'g'ri. Cho'qim ashmish kon. Hammaylar sho'x deydi. Deydigan cho'qimchiq. Ishki deydi. Tep oldim ha. Bilmayman. Unda bo'lsa. To'g'ri. Lekin to'g'ri, asos jihatdan hamda nima bo'lsangiz mushunda naqshlarni kichikdan cho'nggacha hammasi bildi-chu. To'g'ri. Bir ansam o mana naqshgan deydigan mush kon amaliyat bak yaxshi. Men o'zim amroq ras qilsam mushunda naqshlarni. Chunki bu naqshlarni biz nimishqa yaxshi ko'ramiz degan chaqda, balki men u naqshni balliq vaqtimda anglagandim. Hozir anglasam shu ballig'imni eslayman-chu. To'g'ri. Cho'nglarimiz yosh vaqtida anglagandi. Anglab aytib. Yosh vaqtlarini o'ylab to'g'ri. Anglab aytib, hozirgacha davomlashib kelyapti demas. Shuning uchun yaxshi ko'ramiz. Buning uchun biz yesak ham bizning kichiklarimiz endi davomli aytidimiz. To'g'ri. Bekda qazo bo'ldim-ku bu naqshga men. İsmini mi demaylam aytaver. Demayli aytaveramdiq. Qinamsa. Qara qağılar ayrılıp uçtu. Oylandı ki çınananın şahiye kondu. Qara qağılar ayrılıp uçtu. Oylandı ki çınananın şahiye kondu. Yari yanıda günnemungdaştı. Ey, minnin yayrım yırakta,
Gözümdün uçtu Kişinin yari yanıda Günde mındaştı Minin yayrım Irak'ta Gözümdün uçtu Egiz dağ başıdın Serildim tüzge Kızıl gülünün gunçsidek Egildim sizge Egiz dağ başıdın Serildim tüzge Kızıl gülünün gunçsidek Egildim sizge Meyli bildim, meyli bilmem Köydüm ben sizge İşkımızda köyüm ötsem Ovalım sizge Meyli bildim, meyli bilmem Köydüm ben sizge İşkımızda köyüm ötsem Ovalım sizge Meyli bildim, meyli bilmem Köydüm ben sizge İşkınızda köyüp ötsem Ovalım sizge Meyli bildim, meyli bilmem Köydüm ben sizge İşkınızda köyüp ötsem Ovalım sizge Aşkınızda köyüm ölsem Ovalım sizge Rahmat. Rahmat. Hamid, men shunda bir ishni bayqadim. Naqshlar sizning qo'lingizga tushgandikilar o'zgaraydi ekan. Sal o'zlashtirib o'zgartib qilmaydi. Lekin o'zgargan nusxasi texmi yaqinlikda his qildim men bugunjimi. Agar unda bo'lsa tig'i yaxshi, endi yoqtirmay qolarmikin deb o'ylab qoldim. Yo'q. Shunday yaxshi. Tabiiylan ketib qolgancha. To'g'ri. Uslublarga. Nima deymiz endi? Bu vaqt uzargan sari tabiiylan bayqilib qoldi odamniki qanda aytidi masalan, qanda muzika qiziqidi. Masalan, yoki ishlagan narsani, ijod qilgan narsani qaysi tarafga qarab bir tarafga qarab og'idi cho'qim. Masalan, men ham uslubni chalmaydigan taqdirdami, mening yenilam chaldiganim yoki aytadiganim bir yoqqa qarab og'idi. To'g'ri. Shunga boshqa naqshni aytsangizmi, sal osh tarafga ketganda tuyg'uda. Ketganda qashunda bo'ldi ekan. Shuni so'rab baqsam, Hamid, mushu boshqalarning naqshlarini hamda faoliyatlarda mo ancha-muncha aytsizlar-ku, shundaq jiq naqshlarni aytadigan bir navbatlar kelib qolgan vaqtda. To'g'ri, bu kashligi odatda uyangan. To'g'ri. Boshqalarning naqshlarini aytsizlar. Shu vaqtning o'zida mening naqshamni o'zgartib aytib, Hamid buzib deganda gaplar bo'lib baqdim. Ya, babaqmidi. Anglab baqmidi. Shundami? Aksincha, boshqalarga bakroq yengillik bilingan nima uchunmi yoki nima debkin. Men de asosiy aytdim, ma ahang jihatda, asli melodiya jihatda yoki tekst jihatda buningga chaqchaq qilolmaydi. To'g'ri. Buni o'zgartmaymiz. To'g'ri. Asli bo'yicha ap qilib, uning tigini, muzikasini, uslubini, udarni malan o'zgarsak bo'ldi-ku. Shu aksincha o'zgartib aytgan narsalar bakroq yaxshi ko'rdi. Meningcha Men hozir deydi, men Fubada 2015 deyman, 2016 mi shunday. 2016 ga men Fuba bilan Ko'ngyan Bejet kecha Fubada biz ishlagan vaqtda va Ala Nurxon degan naqshni biz nima funk chalgan vaqt. Hozirgacha esida bog'lar baki ashni. 5-6 yil ketdi-ku.
Мәлікі әсілі бойыншымда açab etpesem ya bu emas. Şu 5 yıl burun qeyliq futbol çağan ben birini Өзгертіп айтқан нұсқасын деп мо? Mında deydi Allah bağınız. Меніңше, сіз нақсыны айтқан şu сәнәткарларымыз, şu нақшычыларымыз хош болды деп ойылдым. Нақсыны яхшы көріп, сіз айтып халыққа тихім якынлаштырған асаста, оларның мы көңілді бір, менің нақшам яхшы тұрып айтып, тыңшығычларға бір сундай deydigan bir nusxul болды деп ойылдым. Çünkü bizning azırqı sənətkarlarımız intayin sapalıq. Özara qollaş, özara mədət beriş bizdə nəhayət yaxşı əvcəlib atıdı. Menimcə muşu yerdə sənətkarlarımızı, muşu naqşa həm sənət üçün tirişib atqan barlıq yaşlarımızı bir alqış sadalarımızı beriş kerakmikin deb oylab qaldım muşu yerdə. Özara qollaş arqılıq, özara muşuna oxşaş mədət beriş arqılıq texmi güzel naqşılar, texmi güzel sənət meyveləri bərpa buldu emasmı? Naqşçılarımız Naqşı, hazırkı naqşılar, xalq naqşları dep atılıp, bazı keç taqılıp kelayotgan oxşaş. Belki şu yakın davrda yazılgan naqşlardan mı yeni davamlılık aşı xalqniki bo'lib chiqdi keyincha. Shuna bo'ldi. Bizdan vaqt o'tgan sari mesela valis naqshlar va hududlar orasida degandek amaliyot ashlam ko'n naqsha balkim yana bir mezgil o'tgan kun buning kimning yozganini unutib ketgandan keyin xalq naqshi deyishimiz mumkin. Lekin ash naqshning bog'lig'ini bildida. To'g'ri. Davomli aytib mangdi. To'g'ri. Balkim teg'im mashunda naqshlar jiq chiqish mumkin. Jiq chiqdi deb o'ylayman lekin. Cho'qim jiq chiqdi deb o'ylayman. Albatta, sizlarga o'xshash tirishchan naqshchilarimiz, yoshlarimiz bo'lganligi uchun bizning bu anglash, ko'rish tuyg'ularimiz nihoyat o'zgarishib atıdı, nihoyat rangdarlashib atıdı. Yana bir qatim rahmat. Rahmat. Hammaga rahmat. Hamid. Mushballag'im rahmat. Chapatat o'tdi. Rahmat hammaga. Ko'rmanlar bilan vaqtida xudon qilmay qoldik, ammo yo'llagan gullaringlarni, alqış sadalaringlarni topshirib turibman. Sizlarga rahmat, ko'rmanlarimiz. Suyunduq sizlardan xush bo'ldik. Ko'jan Guroy o'rinlashtirgan shu Cho'lpala sadasi naq maydon faoliyatimiz bir oyga yaqin davomlashib, mana bugun men sizlar bilan tunji qatim uchrashgan bo'lsam-mu, Hamid ham muzikantlar ko'rmanlar bilan tunji qatim uchrashgan bo'lsa-mu, ammo bizningki mushu Ko'jan bevositalik supsi ko'rmanlarga natunish emas, nihoyat izchil ish bo'ldi, o'zaro tushunish bo'ldi deb o'ylasam bo'ldi. Sal turib bizning san'at faoliyatimiz oxirlashgandan keyin yana ko'rmanlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangi Ko'jan Guroyninki turlari bor. Ko'rmanlarimiz intayin taqozolik bilan saqlayotgan bizningki yana suhbat paranglarimiz bor. Shuning uchun san'at faoliyatlarimiz oxirlashmadi. Tarqitishni davomlashtirgan bo'lsanglar ko'pchilik, texnik ko'p kishilarga yetib borgan degan umiddaman. Chunki yaxshi naqshlar, yaxshi san'at numurlari, san'atni tushunadigan, san'atni hurmatlaydigan, san'atdan huzurlanishni biladigan shu ko'rmanlarga yetib berish kerak. Rahmat. Tarqitib qo'yayotgan, ham shundaqla do'stlarga avatib bizni qo'llayotgan har bir ko'rmanlarimizga chin ko'nglimizni, rahmatimizni aytamiz. Endi men shu bugungi faoliyatimiz boshlangan vaqtda degandim. Men shundaq talablari, shunchalik ko'p savollar, ko'p bir riyosatchi deb. O'zingizga qo'yib atgan naqshlardan birisi bo'lsa-mu, men talab qiladigan naqshlarning yana bir narsasi bor-ku. Markaziy xalq radio stansiyasining Uzilmas melodiya programmasiga riyosatchilik qilayotgan vaqtimda, ya'ni 2016-2017 yillarga deyman, 2015 yillarmi? So'zlarim bor degan naqshni aytgan vaqtlar shu. Ya, u keyin 2018 ga deyman. 2018 mi? 2018 bo'lishi mumkin. Shu vaqtda shunda bir ishlar yuz bergan. Chunki o vaqtda men 2017-yillar. Uzun bo'lib ketdi. Askilik qilmagan men shu chaqlarda esimda bor u naqshlar. Ya, hozirga hech qo'yib emasman, shunga mayli qilib. To'g'ri. Ekini aytib chiqarib qo'ygandek. Shu naqshni yangi aytib taqatgan vaqtingizda men Uzilmas melodiyani o'zim yozayotgan vaqt emasmi? Biz program yozish jarayonida to'xtamay naqsh anglaymiz-ku. Anglash jarayonida men naqshini men o'ylashgun o'rinlashtirib bo'lgan, bugun boshqa naqsh o'rinlashtiray deyman-yu. Yana toz avjiga chiqqan vaqtda bu naqshni talib ochib olaman-ku. Akirib olaman. Shuning bilan shu arliq shunda bir inkaslar kelgan, bu naqshni jiq o'rinlashtirib atdinglar deb. Ammo anglag'uchilar shu chaqda yaxshi ko'rgan. Bak esimda qapti-ki, mana bugun kimga bugun keldigan naqshchi desam, Hamid degan aşı naqshni cho'qim aytqizaman degandim. Mana fursat keldi deb o'yildim. Shu naqshni bir anglasak. Bo'ldi. Bu naqshimi mana Hamid bir o'zgartibla. Dahshat aytib atgan. Bugun ana shu nusxasini hozirlanamiz. Buni bizning shu yaxshi akamiz Sherli Abdurashid. Shirali kamning naqshisi. To'g'ri. Naqshisi yomon yaxshi aytgan aylanlar. Bizmi yana hamda yebay degandek ma o asos jihatni o'zgarmaydi. Lekin muzikasini o'zgartib, azroq o'zimizning hissiyotini qo'shib, azroq o'zlashtirib, hamda ashta aytib chiqqan. Lekin menimcha bu yaxshi bo'ldi. Sherli kam xush bo'lgan shu vaqtda.
Birinci şeylikam evetken. Ha, ha. Tamam boptu mu, manda kıldım desem o yaxşı optu fikam deb. Sonra xatirjam chiqargan. Shuning uchun biz yaxshi ko'rdik emasmi? Qiynamsa navbatda anglaydiganimiz Hamid ijrosida so'zlarim bor. Sözlerim var Sana aşık gözlerim var Hiç geceye anlatmaydı Nemi geceye kem yatmaydı Sana aşık sözlerim var Hiç geceye anlatmaydı Nemi geceye kem yatmaydı Sana aşık sözlerim var Sözlerim var, sözlerim var Sana aşık sözlerim var Visalını hiç görsetmeysen Sana aşık sözlerim var Sözlerim var, sözlerim var Sana aşık sözlerim var Visalını hiç görsetmeysen Sana aşık sözlerim var Yıraklardan köz taşlaysan Digenimge işenmeysen Beni ya sözletmeysen Misalını görsetmeysen Hiyalimden hiç ketmeysen Beni ya sözletmeysen Misalını görsetmeysen Hiyalimden hiç ketmeysen Sözlerim var, sözlerim var Sana aşık sözlerim var Visalını hiç görsetmeysen Sana aşık sözlerim var Sözlerim var, sözlerim var Sana aşık sözlerim var Visalını hiç görsetmeysen Sana aşık sözlerim var Sözlerim var, sözlerim var Sana aşık sözlerim var Visalını hiç görsetmeysen Sana aşık sözlerim var Sözlerim var, sözlerim var Sana aşık sözlerim var Visalını hiç görsetmeysen Sana aşık sözlerim var Visalını hiç görsetmeysen Sana aşık sözlerim var Sana aşık sözlerim var Rahmat. Rahmat. Hamid sudun bir içi bila. Muşu 1 minutning ichida men shu erkin bilan paranglashib turay deb o'yladim.
Çünkü bir adamı düşünmekçi bolsan yandakilerden sonra deydi ekanchu. Erkin Hamidning mijoz xarakteri qandaroq? Asa urushamdi boshqalar bilan. Yo'q. Buning mijoz bak eg'ir. Shtama? Ya urushmaydi, tillashmaydi haq bilan oldirab. Bu raskep lekin, bu raskep ko'nglimdagi. Hamda yenimda deb. Hamda biz ikkimiz chaqchaq qilishimiz, bekerek chaqchaq qilishimiz hamda. Hamda bu hamda boshqalar nemildsin, mayli yomon gap qilsin, yaxshi gap qilsin, bu anglamas hisoblam. Vay bo'ptilar deb o'tkazib yetaverdi. Ashta mijoz, shu mijozni yaxshi ko'rmay buning. Bir-birlarini uyga olsalar da. Unda mismamında da vatı da amanda da vatı deb o'tdi. To'g'ri. Güzel arzuyumuz uchun yana tirishib To'g'ri. Shundami? Meningcha yo'l deb to'g'ri mansaqlam meningcha bo'ldi deb o'ylayman. to'g'ri. Meningcha Hamidning bir ochig'ini keltirdigan bunda bir gap so'zlar bo'lmasmikin deyman. Qo'llovchilaringiz bak chiqgan Hamid sizning-chu. Asosiyatdan anglab boqmadim. Hamda keynimdan onu bunu deyish mumkin, lekin ishomon oldimda unda gaplarni anglab boqmadim o'sha. Keyningizdan davatqanlar havas qiladigandu. Yaxshi uytimiz. Hammamiz bu musiqat bolalar deymiz, hammamiz bir-biridan esil mushu. To'g'ri. Biz demaklik bolalarcha hozirgi. To'g'ri, to'g'ri. Shu asosiyatdan hammamiz shunda bir-birimiz qo'llab amda o'timiz. Bugun biz undaylik amanda bu banda degan qitig'irlik qiladigan ishlar yo'q sana. Bugun Hamid qo'shimchiroq muzikantlar boshro'l bo'lyapti. Amaliyotda texnik shunday bo'lish kerak deb o'yildim-chu. Baydan beri mana Hamid o'ziningki sizlarga bo'lgan minnatdorligini bildirib ko'rinib turibdi-chu, har bir gap so'zlardan chiqib turyapti. Mushu bolalar bo'lg'ashqa, mushu bolalarni sarxil bolalar yig'ib oldik, ayrilmadik deganligidan yana bilinib turibdi. Hamidning yana meningcha texnik go'zal orzular bo'lishi mumkin. Mushu orzuga sizlarning qo'llashinglar bilan, sizlarning ilhomlaringlar bilan hamkorliginglar asosida ro'yobga chiqadi deb o'ylayman. Birdan chiqirmiz. Bu planlarni baldiroq amalga oshirish kerak deb o'yladim. Nimishqa degan vaqtda Hamidning yangi naqsiga taqozo bo'ldik-chu biz. Bir hikoyadan to'xtab qolsqanda bo'ldi. Amdasta 2 hikoya, 3 hikoyaga o'taylik. Ham davomli. Shundami? Roman postlari bor buning. Roman, to'g'ri, postlar. Dastan dememsen. Albatta, yangi naqshlar pat yaqinda balkim tarqalish oldi turayotgan bo'lishi mumkin. Tayyorlik qilyapsizlar deyman. Nayri keldi bosqichi. Men bu shunday chiqib so'raydig'ini. Birinchi naqshim putur bo'lgan balkim mening planimda masalan 3 ni qilib biroq taqdidda deb unda o'ylamdim. Chunki deb sansiz men budaqini hamda mana bir trendy holatda bu nimdim demasek hamda keyinchi aslim bo'ldi emasmi? To'g'ri, to'g'ri. MV'si bilan tang hamda iqtisod bo'lsin, mayli boshqa sharoit bo'lsin yoki boshqa sabablar bo'lsin, yori basilamchu. Yori basi bagichi kuchayma. Kuchab amal va shu hamda shu ko'rinishi bilan tang qilay deb o'ylayman. Onun ustiga hamda Allah'ım demagan, lekin o'zimning o'ylig'ini var shu Tonchi Loying deymiz. Loying kirib hamimiz tang shu o'zimizning biradal naqshincha tang chiqirgan manda bir planım bor. Onun yezib qo'ygan naqshlar bor deganlik. Albatta, bugunmi nayti az ham soz bo'lgan go'zal naqshlar bilan ro'yobga chiqqan bir to'r kechilik bo'ldi deb o'yildim endi. Hamid to'r naq maydon kechiligi bo'ldi bugun. Sizni yaxshi ko'rgan ko'rmanlarimiz mana to'xtamay o'zining go'zal tilaklarini yo'llayotdi. O'zining ilhom madadlarini beryotdi chavak alqish sadolar orqali. Demak, sizningki yangi naqshingiz yana to'xtamay taqozo bo'ladi deganlikda. To'xtamay tirishish kerak, ishlaringiz ham o'ngishli bo'lsin. Rahmat, shu yozg'icha. Endi yoz chiqishdan burun 3-4 naqshni bo'lsin tatolay deyman-chu. Go'zal vaqtlarda, amin taqdimiz. To'g'ri, to'g'ri. Albatta, shu ishlaringizningki ham natijali bo'lishini umid qilamiz. Shu topda balkim Hamid unda bo'lsa bugungi faoliyatimiz bu yerda oxirlashdi desa, men ko'ramanlar men hozir Baydemir gul yo'llagan bo'lsa, endi tillash so'zlarini yo'llaydi menga. Nima deydi Mariyasatchi bizda qanmagan tursak deb. Unda bo'lsa ko'ramanlar. Hamidning naqsiga bo'ldi buguncha yetarlik bo'ldi, qandoq degichilar bir harfini yo'q davomliq naqsini anglaymiz degichilar 2 harfni yo'llanglar. Şunun qarta mən bugün ayrıyım. Hamid boldi, rəhmət deyə vaxtım çükdü bolmasmış yətin düşəyə güzməyimiz. Mən başqırma bugün. Baldıraq anlaşqı təqazamız. Rəhmət. İsil mübarək bolsun. Hamid bək isil naqşçı deydi. İşki. Salam əmmanlağa. İşkidin bir qatar yollu bət. Demək bu güzel naqşlarını biz anlap qanmayımız deməkçi də. Rahmet. Şunçilik qo'lg'onga rahmat.
Rahmat. Üzülmeyivatıdı. Demek netice çıkıp oldu. Mening en qo'shilgan ishim shu. Albatta. Mush xalqimiz yaxshi ko'rsa, yaxshi ko'rib olsa. Onundan başqa endi boshqa maqsadim yo'q. En hoşlanarlı iş şu. Unda bu nakşı deyen birini anlaylı. Anlaylı. Onda siz eyvay deyişkenkidek bunda özleştirgendim birini aytlı. Şuna kılaylı. Kona lekin abaymo hem de özümüzün özleştirilgen ettikmo hem de tigim işkilgen asasında ve özleştirgen nakşlar var. Xodu sizi bağ yıldızım degen aşıp bir devirdeki bir nakşdan bile aytib berey. Makul. Bunun ismini demey boldu. Özünla bili anla demek için o. Vay aman bildi çünkü bunu mu aytkan çıkagan bu nakşını mı? Radyoda mı kuyish mümkün ya koyamdı ya koymamdı taz uqib ketmeyman de. Aç vaqtlarda bir çıkagan nakşı. Lekin amma o'xshamaydi deb. Qani anlaylı. Rahmat köpçülük. Hammalarınki 2 degan sanını görüp tuduq. Demek netice çıkıp oldu. Növbətdə Hamid icrasıdan hammamiz yaxshi görüp anlaydigan amma Hamid uslubidagi kona aslimlik naqshidan birini anlaymiz. Hay bu gap tushdi ya. Hamid uslubidagi naqsha degan gap tushdi. Bu xaslık yaratmoqchi bek tez Hamid amaliyotda. Har xil kasbdagi kishilar xaslık yaratishni o'ylaydi-ku. Bu narsa mening his qilishim qanday kelsin shu vaqt bilan tajribaga tegan. To'g'ri. Masalan chiqiblam neni yomon bolalar bor. Maktabda kasbiy o'qigan, To'g'ri. kasbiy o'rgangan bolalar bor. Nima bo'lsangiz mangu haqning narsaga chap o'tib ketadi shu. To'g'ri. Hamda agar o'zimniki narsani qilmasa, hamma vaqt ketgan. Masalan, shu vaqtning o'zida boshqalarning narsasi shunday yaxshi chaldi shuna. O'zining narsiga balkim chalamasa mumkin, balkim şu yine tecrübe kamçılık buluş mümkün. Davamlaştırgan vakitte günlerden biri de payda olurken şu. Şuna hemen şu azıcık yaş ballağı bopma. Yaşayanlarımız pek yaman bop gitti. Meyli müzik olsun, meyli gitar olsun, sazlar olsun, nakşımı icadiyetler olsun. Bu olsa davamlaştırışını ümit kılmayamızsın. Belki şu görmelerden içinde yaş ballağı buluş mümkün. Elbette. Sizin kolluğucularınız pek çık gibi. Şularının ki davamlık üzüldürmeyi, taşlamayı. Şu özünün nərsini, çapmın işini ümid qılma. Biz şundaq buluşunu ümid qılımız. Şu vaqtda aman bir günü özününki xaslığını tapıdı. Xas bolğan bir narsa çoxum tapa alaydı. To'g'ri. Bu xaslıq pek mühim. Sizningcha mening xaslığım bormi ekan? Mening xaslığım nerede ekan? Sizin xaslığınız sualcıq sorayıkız. Özünüz dəvətdiniz mi? Xo'sh, unda bo'lsa Hamid uslubidagi aslimlik naqshlarimizning bir so'zlaringlarga ketdi. Marhamat. Yığlayma mən kəssəm uzaq yergə canım Yığlayma mən kəssəm İraq yergə canım Lekin çin könlümdən əsləyməsini yarım Lekin çin könlümdən əsləyməsini yarım Bir cüp şəhla gözümdən yaşlara kuzum Bir cüp şəkla gözümdən yaşlara kuzum Qandaq seni taşlam Giteyim bu dünyadan Qandaq seni taşlam Giteyim bu dünyadan Gerek emez şəkla gözlərim Gerek emez sungu saçlarım Kalbimde çünkü boyar senin şirin sözlerin Gerekemez şekla gözlerin Gerekemez sumbulu saçların Kalbimde çünkü boyar senin şirin sözlerin
Bilemedim yarim bir şanem şöriken. Bilemedim yarim bir şanem şöriken. Özümni kurban kılım giteyim bu dünyadan. Özümni kurban kılım giteyim bu dünyadan. Bir cipşekla gözümdün yaşlar akuzun. Bir cipşekla gözümdün yaşlar akuzun. Kandak seni taşla gideyim bu dünyadan. Kandak seni taşla gideyim bu dünyadan. Gerek emez şekla gözlerin, gerek emez sumbul saçların. Kalbimde çünkü bayır senin şirin sözlerin. Gerek emez şekla gözlerin, gerek emez sumbul saçların. Kalbimde çünkü bayır senin şirin sözlerin. Kalbimde çünkü bayır senin şirin sözlerin. Kalbimde çünkü bayır senin şirin sözlerin. Rahmat. Rahmat. Rahmat Hamid. En ahırda Nabi'nin şundak urub etishi bilan naqshning texmi güzel joyi gavdlandi deb o'yildim. To'xtish kerak. Naq to'xtish kerak rost. Bu muzikalar oz bo'lgan bilan, ammo naq shu naqshlarninki eng gavdalik holatini namoyon qilib beradigan muzika ekan, ha? Har bir sozlar. Mikrofon. Hamda Shojan dajan deb qo'ydi. Masalan, bir dumbaq bo'lmi degancha bir dumbaq, bir bas gitar, bir gitar bo'lsa, hisobda sen dajan bilan bir kichik kuyi deysak. Hamda muzikaning jin emasmi dumbaq va udon. To'g'ri. Bas gitar va uning lyudon guruh deydigan uningki akkord va melodiya va shunday. Endi qag'ini shuning ustiga qo'shilib jarayonda teg'imi gullanib mangdi-da. Muzika taraf qancha cho'ng bo'lgan sari nima deymiz masalan biz deylarda anglaydigan naqshlar deymiz uni ham kompyuter ishlab qilgan bilan shuning ichidami shu eng asosli bo'lgan mush narsalarning ustiga mush asos qilganning ustiga undan keyin har xil yaxshi bo'lgan muzikalarni qaytib qoldi degan. To'g'ri, to'g'ri. Asos shu. Mushning bilan bir muzika ham anglagan odamga to'liqroq anglangandek his qila oladi mushning. To'g'ri, to'g'ri. Qoltiskan sizlarjimi? Ras qo'l qo'ydim sizlarga. Amniyat 8, 9, 10 muzikantlarlarmi chiqib baqdiq hamda sahnaga. Lekin bugungi ma tuyg'u o'xshamaydi-chu. Uning ustiga bugun ata shumush buchadigan qilib baqili deb hech qanday tok gitarmi ishlatmay, shovgochim ishlatmay, hatto ma chempan qatimizga, chempan hech nima ishlatmay shunda olam. Bumi bir xil o'xshamaydigan deymiz ham deylik huzur bo'ldi. Hamid uslubi nihoyat yaxshi gavdlandi bugun. Anglashqa yana o'xshamaydigan bir xil. To'g'ri. To'g'ri, to'g'ri. Assos degandek. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Ko'jan guruhi o'rinlashtirayotgan Cho'lponlar sadosi naq maydon bevosita tarqatish faoliyatimiz davomlashyapti. Bugun biz yosh naqshchi, o'ziga xoslik yaratgan kuychimiz Hamid bilan paranglashdik, mungdashdik, yiqimliq naqshlardan huzurlandik. Balkim ekran oldidagi qadrli ko'rmanlarning rahmat, isil bo'ldi, go'zal bo'ldi qatorliq ilhom madad so'zlaridan boshqa yana oxirida so'raydigan savollar bo'lishi mumkin. Mush yerda 1 minut vaqtni agar
Bugün sorup bulmaydigan suallar bulup qalsa hazır sorup mən yetkizay sizlərnin orunlarda sorup alay. Onun keyindən Hamidga mo icazat bərsək, keyinki bizniki faaliyetimizdə, keçilikimizdə uçurasaq degan ümiddiman. To'g'ri. Sual bol sorsanglar buludu. Isil degan gap bək jiq keldi. Haqiqatan isil bo'ldi lekin bugun. Endi o'xshamagan bir xil ta'sir bergan bo'lsa, men shuningda xo'sh. Albatta. Ko'rmanlarimizniki sualiga kelgicha, ko'rmanlarimizga deydigan sizning qanday so'zlaringiz borki, Hamid, anglab yetaylik. Meni mushu yaqindan qo'llab kelayotgan barliq mush ko'rmanlarimizga, do'stlarimizga, akalarimiz, adlarimiz, singillarimiz, inlarimizga, hattoki ba'zan cho'nglarga ham opa dematlik, on dematlik. Mishada mush munosabat bilan rahmatimni bildirib olsam, hammalarning qo'llig'iga rahmat, yaxshi ko'rganiga rahmat. Amallarım bunun için terimo oxşamagan narsalarni, terimo yaxshi bo'lgan asarlarni sunishga tirishman. Rahmat. Naqshlar pek yaxshi ekan. Davatudu-yu. Siz bütün sualni so'rab bo'ldingiz demakchi-da ko'ramanlar. Shundaq emasmi? Qanday talab bo'lsa o'rindaymi ko'pchilik hozir? Bo'ldi, xo'sh desanglar xo'shlashimiz. Sual bo'lsa so'rasanglar so'raymiz edi. Hamidni qiynamay amal yo'q. Bugun qanday savol olsa javob berib bo'pti. Javob berib etish kerak, ha? Amniyatda sizni yaxshi ko'rdigan qo'llovchilaringiz bakchiqqa tushunib boqsiz keladi. Rahmat. Isil bo'ldi, hamkorliginglar texmi yaxshi bo'lsin deydi. Muzikantlar sizlarga salom yo'lladi, ko'rmanlarimiz. Rahmat, muzikantlarimiz hammalarga salom yo'lladi, minnatdorligini bildirdi. Rahmat. Xo'sh bo'ldik. Uningdan boshqa Ko'jan guruhininki har qaysi noya shaharlardagi tarmoq shirkatlardagi barliq rahbarlar, barliq hamkorlashuvchilar sizlarga chin ko'nglimizning rahmatimizni aytamiz. Baydan beri to'xtamay gullaringlarni, madadlaringlarni yo'llab turdinglar. Ishlaringlar texmi natijalik bo'lsin. Ovoz bek payziga qanday mashqlarni qildigandu deydi. Opla, men rost qilsam mashq qilmoqman desam bo'ldi. Faqat mashq qilmamsiz? Yo'q. Bu kasbingizga 100 kilometrsiz mashq qilasiz. Rost endi naqshida men aytdan eliqib manda bir mashq qilib baqsam bo'ldi deb rost qilib baqmagan. Ovqatga vaqtlarda shu aybay men sizga deb berdim qo'y. Yangidan boshlagan vaqtda nima desangiz muhimroq endi boshda o'ginsiz, har xil naqshlarni o'ginsiz, anglaysiz. Onun men o'sha qaytib o'qishib turib qaytib kelgandan keyin shu keşligi hem de biz bir işleyimiz deyiştik. Asas mashq shu men uchun. Ayni vaqtda mı degan shu men birsiga hem de hisobni tepish uchun emas desak yag'an bo'lib qoldi. Uni bo'lish kerak. Bu bor, lekin qimmatga aylanib berish kerak. Muhimi yanılam shu bir mashq qilib qolgancha eng yaxshi mashq. Sahnaga pishib menish kerak demakchi u. Masalan, ba'zanlar uyda mashq qildi, ba'zanlar cho'kida mashq qildi, ba'zan hatta men bu ovqatga vaqtlarma yangidan naqshatga vaqti quloq arjentik vest minib toza yo'l tovlab mangdim. Yangi boshlagan vaqtlarim shu. Keyin mashina oldik, mashina olgancha mashinaning ichida o'tirib etqa vaqtlarimiz bo'ldi. U vaqtda ham asosliga nima bo'lsangiz mayliqi bu hozirgi bolalarda sharoit bek to'liq o'rganmasi ma'lum. To'rdimi o'rganalaydi, ha. O'rganalaydi, ma'lumlarni bizga lekin unda o'rgatilgan odam yo'qda. Hamda bekrak kasbiy o'rgana aytsam, menimcha shu ma'lum o'qituvchilardan o'rganganni hamda yaxshi. Agar endi o'zim o'rganib mangmay deydiganlar shu eng asosiy menimcha birdan bir yaxshi bo'lgan mashq, o'z yaxshi ko'rgan naqshini. Masalan, qizlarga Adiyalni bek yaxshi ko'rdi-ku. To'g'ri. Ashning keyin naqshlarni masalan o'rib etib, bu narsa biroz qilsam birinchi shu do'rashdan boshlaydi. Shuningdan keyin andin o'rganib aytib, andan o'zining xosligini yaratib, keyin bara-bara shu jarayonda o'zining xosligini topadigan narsa. Demak, ovoz o'zgartish uchun alohida mashqlarni qilmaysiz. Yo'q, unda mashq. Yaxshi ko'rgan naqshlarıngiz aytish orqali shu mashq orqali hamda shu ovoz mashqi bo'ldi-da shu. Uyandisi shu chiqib naqsh ekan, menda bo'lgandan keyin shu naqshini to'xtamay aytilgan gapda aytib o'rgangan gap. To'g'ri. Uning ustiga bugungi mushu naq maydon taqtish faoliyatimizga keyin kirgan ko'rmanlarimiz bor. Yana bir eskartib o'tay Hamidninki oliy maktabdagi kasbiy iqtisod boshqarishga ko'pchilik. Bu ovoz muzika darsi ammabdi ekan-ku oliy maktabda. Ammo iqtisod kasbini tanlashdan burun o'ziniki mushu gitarlar bilan, yana mushu san'atga bo'lgan qiziqishi bilan keyin mushu kasbni cho'qim qilaman-ku deydigan orzusi bor ekan. Demak, endi kasbiy ovoz mashqlarini qilib, bundaq mashqlarni qilmagan bo'lsa-mu, ammo o'zi yaxshi ko'rgan naqshlarni, o'zi yaxshi ko'radigan naqshlarning naqshlarini aytish orqali mana tez suratda xoslik yaratib oldi.
Tallaylikkan Hamid ha? Rast tallaylikkan. Amniyeti biz Hrishcha adamlarni tallaylik deymiz-ku. Bu talay bek muhim emas. To'g'ri. Rahmat, ko'pchilik. Naqsh tekstini o'zingiz yozamsiz deydi. Mening bir og'inam bor. Bu mu akag'inam san bo'ldi birsiga. Birisi emasga ikkisiga to'g'ri. Farmon bilan Sherman deb. Sherman degani Sherliman deb mush ko'pchilik naqshlarni ham o'zini bilmagan bilan lekin naqshlarni bak yoqtirib anglaydi uning. U mu 98-yildagi kon naqshchi o'zi ijodiyatga bak yomon. Naqshni bak yaxshi yozdi. Tekstni bak yaxshi yozdi. Birsiga shu ashtinki teksti chiqaroq bo'ldi. Onun keyin yana birsiga mau Farmonda Prag'inam bor. O chiqaroq his berdi. O'zim yozmaydigandek. Başta neçimizden bir yer oturuş bilan kelib chiqdi. Lekin muzikasini ham asos chatdim o'zim. O'zingiz ishlaysiz. Bir hikoyaning teksti kimdan? Ash bir hikoya deganki teksti Farmonning. Farmon, muzikasi o'zingizniki. Bek chiroyli chiqibdi ekan. Burun muzikani yozib avatmadim, shu Farmon yozib tekst tushirib menga avatmagan. Muzikani avval ishlab bo'lgandan keyin tekstini keyin yozdimi? Mening bilishimcha, men to'liq ashtaq. Mening hozir masalan, nurg'un telefonim maqtursam balkim 50-60 tak naqshlar chiqish mumkin. Emas shu muzikasi bor, tekst yo'q. Ashtaq. Shuni xos yaratib ekan-a, Hamida. Uslub buras, uslubga bugun buras. İjodiyat qilib jiqpa, lekin hammasida tekst yo'q. Ham shuning ichidan tanlab budaqma ilqi dedim qo'y, men 10 nechilik naqsh chiqarmoqchi. Shuning ichidan tanlab shuningga bir tekst tushirib. Tekst yozg'izib. Odat shu ham yozg'izib desam bo'lmaydi. Biz hamda o ağınımızmı bizninki muzika taraf burun bas gitarcha, Özümüz muzikani tushundigandan ha. Onun kasbi rəssam, onun üstüge özüm bu yaxşı rəssam, yaxşı gitarcha, yaxşı bas gitarcha, naqshim yaman yaxşı aytıldı. İcadiyat kim bek yaxşı. To'liq aşnan bilan hamkorlashib qolmaydi. Ba'zi men asosiyatdan muzikasini qilib, onun keyin cho'ngshingsi shang asosiy ideyani o'ylab, menda qaraq bir mazmunda bir narsa yozildi deb evet basam şunun qarta yezib evet berdim. Bilib aldım. Hamid uslubi ras uslubgan bu. Nayt yangi gaplar paydo bo'ldi degan ha. Nayt ko'ngillik paranglashdik Hamid. Yig'ib kelgan vaqtda yanala eng go'zal tilaklarimiz sizga bo'lsin. Yangi naqshlar to'xtab qolmasin, ijodiyatlar to'xtab qolmasin. San'atda besiyotgan har bir qadamlaringiz utuqliq bo'lsin Hamid. Biz sizni qo'llaymiz. Har vaqt sizga ilhom madad beramiz. Rahmat. Albatta müşiyatlar ma'qulamsiz degim kelmadi. Oxirida yana bir naqshlarni oxirlashtiraylik deb o'yladim. Qanday dedim? Charchab qolmagan bo'lsanglar. Muzikantlar, Navruz chapdastur ekan juma muzikantlar. Balkim yangidan kirgan hamda keyin kirib qolganlar bor-chu. Balkim bilmay qolganlar bor. Hamda yana o'xshash o'xshash tanlash beray. Ma bu Wang Yunga men bir naqsh chiqargan. Bir program deyotgan, unutilgan naqshlar deb bir naqsh chiqargan. Bu bizning Nijat Anvar deb akimizning naqshi. Bu mening ijod naqshimi? İcadi bu aşı akımızdaki icadiyat naqshi. Bu hem rock slovudaki. Bigan hem şarait olmagan bilan biz ma bu dedim ki buçadiyen deb. Aşağın içinde buçadiyen qilib chatlasak bo'ldi. Birsiga shu naqsha. O zamonaviy naqsha hozirgi shu uslubdaki. Unutilgan kun emasmi? Unutilgan naqsha. Unutilgan naqsha. Unutilgan naqsha degan naqshi ne? Degan naqsha. Yana birisi-chi? Yana birisiga shu hamda nim naqshlar var mesela. Şu konrak naqshlamda yoki shu ashu naqsh. Agar sizning naqshlaringizni bildiganlar bo'lsa, talab qilsa mayli. Wang Yundimi deymiz, boshqa pintaylarni shu naqshni ko'lish bakroq chiqchu. Jiqlar yoqtirgan. Hamda shu naqshni balkim bildiganlar borib qolsa bilish mumkin, lekin bilmaydiganlar hamda qanday o'ylaydi. Meningcha shu naqshni aytmay bo'lmag'idek bo'lgan. İsmi ataldımı, etmay bo'lmag'idek. Unutilgan naqsha. Rasizam naqshning ismi bak o'zgacha qo'yilibdi. Tekstini kim yozgan bu naqshini? O tekst muzikasi Nijat Anvar ikkisi aşağımızın. Unda bo'lsa, ijodiyatchimizga cheksiz hurmatimizni bildiramiz. O'zim aytib chiqaman. Kendim menimni chiqaraq aytib soldim. Bo'ldi unda bo'lsa, shu naqshni programda aytgandan keyin shuning bilan anglashchi ko'p bo'lib ketdi shu naqshni. Unda bo'lsa, shu naqshni aytpasam bularmikin deb o'ylayapman. Unutilgan naqshni aytib bersin deb mana. Ismini deb bo'g'ish talab qiladi. Bo'ladi. Biz ko'p anglagan nurg'unlar balkim bugun tunji qitim anglashi bo'lishi mumkin. Naq maydonda ko'rib turib. Unda bo'lsa, shu naqshni anglaylik Hamid.
Albatta chavaklar, gullar, qahvalar avatlisi bo'laveradi. Bugungi ma'bamizsa ama Shangqing o bu degan bu chiqadigan ben buni yaxshi ko'rdi deb o'ylayman lekin. Albatta, yaxshi ko'ramiz. Sal o'xshamaydiganroq kenjo bo'lishi mumkin. Qarab qaldım arqından Uzab ketding ko'z oldimdan Kech kuzning sovuq shamollarida Tenha qaldi bir yürek tenha Sarg'aygan shox, sarg'aygan yaproq O'xshab qapti mening halimga Egri qadamlar bilan ostan Qayrilib mangdim arqimga Qarab mangdim sensiz turmushqa Ko'z oldim rangsiz dunyo Geç güzdeki timtas koçida Tenha kaldı bir yürek Tenha Uzak gittin göz aldımdan Keş güzün soğuk şamallarından Tenha kaldı bir yürek tenha Sargaygan şax, sargaygan yaprak O'xshab qapti mening halimga Egri qadamlar bilan ostan Qayrilib mangdim arqimga Qarab mangdim sensiz turmushqa Ko'z oldim rangsiz dunyo Kech kuzdiki timtas ko'chida Tenha qaldi bir yürek Tenha qaldi bir yürek Tenha qaldi bir yürek Tenha Rahmat. Rahmat. Hamid. Rahmatni biz sizga aytsak bo'ldi. Ekrandagi barliq ko'rmanlarga vakolatan, Ko'jan guruhidagi barliq ishchi xizmatchilarga ham hamkorlashuvchilarga vakolatan Hamidga shundaqla naq maydondagi barliq muzikantlar sizlarga chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman. Mumkin Rahmat. mushta bizga yaxshilik qilma Sharoitlarni, ovoz sharoitini to'g'ri. yo'q bergan ma u Jafar deb bir akimiz bor. Jafar ma'lum. Ashunga rahmat. Shunga bugungi ovozlar o'xshamaydi-da. Albatta Shundaqmi? o'xshamaydi. Bu balkim anglayotgan shu ko'rmanlarcha qaysi tarafdan anglab, teg'im yaxshi anglayotgan bo'lishi mumkin. Balkim. Hatto biz anglagandan bekarroq yaxshi anglayotgan. Shundaq.
bizning shu Java ma'lumga. Hürmet bildirimiz, japa çektiniz. Nerdekin uqmadım men. Ba bir yerde. Japa çektinglar. Arqa septiki barliq xizmatchi xodimlarimizga chin ko'nglimizdan rahmatimizni aytamiz. Undaqda Hamid, biz keyingi faoliyatimizda, kechiligimizda yuz ko'rishaylik. Yana fursatlar bo'ldi-ku. Yana fursatlar ko'p. Balkim sizlarga issiqqina bir piyala choyni qo'yib beramagan bo'lsakmi bugun, ammo yana eng go'zal tilaklarimiz sizlarga. Rahmat. Unda bo'lsa, rahmat, siz men japa chekdingiz. Rahmat. Unda bo'lsa sizlarni men o'sha yerda ma'qul ham sizdan o'zib qo'yib turay. Bizning shirkatning yana Ko'jan Guroyning yana boshqa xizmatlari bor, o'sha yerda yangi turlari bor. Men davomlashtiraveray. Bo'ldi. Bo'lamdi. Unda asma bu Java mamman bir itibdi. İt bo'ptimi? Çaqqan yana ko'rishkicha aman bulunglar, menlarga yana bir qitim rahmat. Bo'ldi. Sizlarga rahmat, muzikantlar sizlarga rahmat. Ekran oldik, vallahi rahmat, maballarga rahmat. Rahmat amsa, japa chekdinglar. Ha, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Biz hamda 2 minut bir paranglashaylik, ha. Chunki baydan beri biz muzikantlarimiz bilan paranglashdik. Naqshchi Hamid bilan mungdashdik. Intayin yaxshi bo'lgan naqshlarni, bo'libmi men yaxshi ko'rgan naqshlarni anglab o'tdik. Bugungi mana shu sahnani hozirlagan naqshchilar bilan men bilan sizlar bilan sahnadagi barliq muzikantlarni uchrashtirgan Ko'jan Guroyiga yana bir qitim chin ko'nglimizni rahmatimizni aytamiz. Mana shunga o'xshash rahmatimizni aytayotganda, minnatdorligimizni bildirayotgan vaqtda, balki ekran oldidagi ko'rmanlarimizmi qandoq yangi turlar bordi. Bugun zodi yana yangi so'zlardan Ko'jan Guroyiningki bosh lideri, qurg'uvchisi Hasanjon Qosim apandi qanday uchurlarni berdigandi deb saqlayotgan bo'lishi mumkin. Unda bo'lsa, navbatman o'sha yerda taqozolik ilkida ko'rmanlar bilan o'xshash Hasanjon liderini yenimga taklif etib olsam, meningmi so'raydigan nurg'un savollarim bor. Shu savollarga javob topqach, yana yangi uchurlardan xabardor bo'lsak ekan degan umiddaman. Ayzoning tayyorligi bitganmidi? Qani, Hasanjon lider. Marhamat. Qanday yaxshi turdingizmi? Yaxshimi? Endi sahna ikkimizga o'ngchivash qoldi. 6-5 minut. Varan churum qilishimizmi? Qilishaylik. Zodi paransa ilishtirgan damlar kelib qopti ekan. Ko'rmanlarimizga ko'rmanlar bilan bir ko'rishib o'tay. Bir ko'rishib o'tamiz. Ko'rmanlar qanday ahvolinglar yaxshi? Turdinglarmi? Heytanlarga hammanglarninki muborak bo'lsin hamda. Birga bo'lsin. Kuzduq emasmi? Bugün şu neçə gün 3 gün to'xtab qo'yib qoldik-ku. Endi nurg'un asli 4-cü ayının 19-cü günüdən 5-ci ayının 19-cü günüge jetdi bu. 30 gün davamlaşatdı şundanmı? 30 gündə. 30 gündən bu qitim 4-5 gün to'xtab qo'yib qoldi bu iş. To'xtashga sabab nereden izleyimiz? Sizin aldıraşçılığınız mı yoki? Yo'q, men aldirash emas, aldirash bo'lsam shu cho'qim vaqt chiqarmayman. Shu tordashlarga aldirashchi men. Mush tordashlar aldirash qilib o'tdi. To'g'ri. Endi asosliqi bizningki shu artistlarimiz yet o'tkazgan emasmi? Aram elish kerak. Bayram bo'ladi. To'g'ri. Shuning bilan 3 gün to'xtab qo'ydik. Dam oldik. 3 gün dam oldik. Hemen bu 3 günde men yaxshi dam elib olibdim-a? Yaxshi aram elib olibdim-a? Bugun tordashlarimiz bilan yana bir yerga yig'ilib qoldik-ku. To'g'ri. Siz bilan shunda bo'ldi mana bugun. Tunji uchrashdik. Buning oldida men do'yinda ko'rib ekanman. Ben şu Ko'jan bevositalik subsidiya ko'rdim-ku sizni. Rostini aytsam, har qatim şu chunki biz hurmatlaydigan naqshchilarimiz chiqdi. Men yaxshi ko'rgan riyosatchilar chiqdi. Ko'rib turdim-ku. Ko'rish orqali siznimi xili tushundim deb o'ylayman. Undan boshqa Ko'jan guruhiga bo'lgan tushuncham xili oshdi. Bugun tunji uchrashganimiz bilan tushungan bo'lsammi, yana nurg'un savollar bor Hasanjon apandi. Şu sorularga javob topamiz-ku. Şu qitim, bir ay şu. Biz bu bir ayda
başqa ish qilmadik asosan-chu yoki mahsulot Mahsulot sotmadik satmadık, to'g'ri. yoki birasining mahsulotini setib olmadik. To'g'ri, to'g'ri. Mushu bir oy jarayonida mushu o'zimizning qanchalik bilayotgan, qanchalik bilmayotgan, yana mushu ko'pchilikka qanchalik ish qilayotgan, ish qilolmayotganligimizni chunki nurg'un to'rdoshlarimiz, nurg'un jamiyatdagi nurg'un do'stlarimiz masalan. Endi masalan odamninki yonchuqi degan bo'lsaqmi, bu yonchuqqa lazım bo'lgan narsani silib mangmizcha. Lazım bo'lmaganini bir-birlab tashlab o'tamiz emasmi? To'g'ri, to'g'ri. Shunga mushu jarayonda biz qanchalik odamlarga lazım bo'lamiz. Qanchalik odamlar bizni bir lazım qiladi, yanchuqqa silib oladi degandek. Bu pek yangicha gap bo'ldi. Chunki bo'lmasam deb ammas mata, zo'lab sata degandek-chu, kunda davasa ko'pchilikka yaxshi bo'lmaydi-chu. To'g'ri, to'g'ri. O'zimizni tushirib qo'yamiz. Shunga bu jarayonda bir qanchalik biz mushu ko'pchilik bilan bir qanchalik yaqin orliq saqlay olamiz, qanchalik bizni bir qanchalik tushuna degan mushu maqsadlar bilan biz bu qitim o'zimizni ozroq bir dangsash bo'ldi-chu endi bu. To'g'ri, to'g'ri. Bak jiq ish qilolmagan bo'lsak-mu, bu bir oy ichida. Yo'q, jiq ish bo'ldi-chu, meningcha. Lekin mushu men bu nurg'un turlarni tushunmaydim-chu buning ichida. Tushunmay bu qanday ilib mansaq bo'ladi deb masalan biz mushu 6 yil vaqt ketibdi-chu, bu shirkat qurilgani 6 yil oldi. 6 yil jarayonida 3 ishimizni tez boshqa ilib chiqib, yo'q boshqa ilib chiqib bo'lmadik texa. Texa yana safar ustida. Ham bu qitim ekranning hammani to'liq bo'yaptimiz bunda o'ylab qo'ysanchi. Shu liqida to'shibdi. Liqidaklar to'shdi bu. Amma ekrandagi mo bak bir cho'ng ish hamdi bu. Albatta. Bu ekranning hammani to'shqizgandan keyin buni ichki shirkatni kengaytirishga 6 yil vaqt ketgan bo'lsa, endi buni kengaytirishga qancha yil vaqt ketadi deb hisoblab ishimni sanab ba'zi vaqtcha endi mancha yosh qadam qo'yaptimi. Her birisini manchilikdan deb bunda hisoblasam bu hech bir sans bir ig'zimga kelmadi-chu. Shuning bilan maqitim bu ishlarni o'ylashib bir oy bak sirtdimi bakchiq odam to'lamayli oningcha. Bak sirtdimi bakchiq odam qatnash turmaymi shu o'zimizning atrofida bo'lgan shu odamlardan foydalanib bir faoliyat o'rlashtirib baqayli. Shu jarayonda bizni hamda qanchalik odamlar yanchuqqa silib oladi, qanchalik odamlar tashlab o'tadi degandek. Bu gapimizni yaxshi ko'rdim men. Bu faoliyatni o'rlashtirdik. Faoliyatni o'rlashtirgandan keyin haqiqatan endi bu qitim bizningki hali ish qilganligimizni o'zim manda o'ltirib his qilib qoldim-chu. Hali ish qilibmiz deb his qilib qoldim. Balkim siz oddiy baholarni qo'ygan bo'lishingiz mumkin bu bir jarayonda qilgan ishlarni uchun. Masalan, biz ko'rmanlar süptib turib nazar sağınımızda bu bir ay jarayonida haqiqatan bek cho'ng ishlar bo'ldi. Endi bu qanday desangiz, birinchidan tomoshabinlar o'ylaydi, biz seg'ingan naq maydonda aytiladigan naqshlarni hammandigidek anglab chiqdik-chu. Biz ko'rishni orzu qilgan naqshchilarni tomoshabinlar ko'rdi. Undan boshqa deganga o'xshash bilan liqqida to'shibdi ekranlarga. Mana mushular orqali hozirgi davr taraqqiyotininki qanchalik tezlashib ketayotganligini mush bir oy jarayonida nurg'unlagan iyilik tiklayotganlar his qildi-chu. Bu shu bir oy bek qadrlik bir ay oldu-chu. Bek qadrlik bir ay oldu. Bu bir ay jarayonida men boshqa har qanday ishim bo'lsa men tashlab etdim-chu. Hemen tashlab etib. Yetisha oladigansiz jimoyidimi? Yetishdim. Mushu to'rdoshlar bilan bu qitim. Chunki bu bek jiq ishcho, ben bek cho'ng ish bu. Mushu bu bek cho'ng ish bo'lgandan keyin buni cho'qim bir zihnni bir yerga yig'ib
Doğru. işim battı, ma kalan battı, ma koyan battı dep o hem işini bir yaki jıgı olmay. Doğru. Hem bütün kallığını muşu bir orunga zihinni muşu bir orunga koyup bir ay bir kıpaka dep kısam ras kıla aldım bir ay şu. Özümge hele işençim işip kaldı. Bir ay kıla aldım. Esli kıgıl oldu kenç. Doğru. Esli kıgıl oldu kaldıkını bilip kaldım. Kıgıl oldu kene. Şunu bilen bugünden başlap hem de biz muşu mesela biz muşu Kucang muşu markamız ne? Asası nişan kılıp muşununga bu kitem muşu bütün Şinjan'da bağ olgan bütün mesela tor dese tor emeli mesulat dese emeli mesulat mana muşunda naite köp bütün Şinjan'nınki hem de seyahat menzili rayonları deyimiz iş kılıp hem de bunu tasvirde yapılamayım şu muşlarının hemini özüge cem kılgan bir marka kılıp kurup çıkaylı dep elip mangan elip mansak bügen hem de tunca etimde bunu bir ilan şekillik seferge yol saldıkça yol salgan denken bügen texin bek hoşal kılıp etti çünkü oldu keyni 700'ge yakın muşu Şinjan mesulatları sodusu bilen şugulunu vatkan sen bügen şütün keyin gap hem nima o Muşu sodusunu hem de biz bilen birleşip muşu içkiri ülkelerge kengaysan boldu yoki texim yaxshi soduqsan boldu degan muşu tordaşlarımızdan 700'ge yakın tordaş bügen tizimlitipdi tizimlatgandan keyin bu meni naiti bek xushal qilib etdi shu Muşun neticede mana kutlatgan netice. Doğru. Çünkü bu qitim biz Kucang arqılıq muşu Şinjan'ı kemmisi mi bunun deyken şu mesela kilerlise bek yaxşı hem de ameliy közü bilen közçü kilenmey kalgan takdirde mi muş Kucang arqılıq muşu Şinjan'ı köreleytkan Şinjan'ı bileleytkan Şinjan'ın mesulatlarını setip alaytkan hem de ma etrafımızdaki adamlarga nispeten bir igilik tikleş pul tepeş mesulatlarını setip çıkırış rolunu oynaytkan bir sahne hazırlaylı degen şu maksat nişanlarımız bilen bu qitim bu seferini başlagan bu sefer hakikaten yaxşı önüm yaxşı netice asıl qilib berdi şu şuna de bunu sözlesek bek jiq sözlep kitmen şu bu to'g'riliq sözlesem hozir men bek bilimdor bo'lib qoldim demeysiz bu sözlebesi hem bu adamninki en yaxshi ustozi mushu tövendiki adamlar ekan şu mesela tövendikiler sualını jiq so'ragandan keyin biz bununla cevap tepish uchun izin etganmiz Doğru. Bunda bo'lavergandan keyin shuning bilan bu hamma ishlar o'zininki bir joyiga tushib ketgan chunki savol tepish uchun terishgandan keyin kunda o'ltirib ma savolni so'rayotdi mani qanday qilganimiz a savolni so'rayotdi avni qanday qilganimiz deb shunda bir savolga javob tepish uchun o'zimiz men bir terishima degan demasakmi sen terishmasan bo'lmaydi chunki savol ko'zni ichib tug'andan keyin bu savolga javob topmasak javob tepishimiz kerak. To'g'ri. Javob tepish jarayonida o'zimizningki shu ishni qilalayotgan, qilolmayotganligimiz mana men deplam oshkorlanib qolibdi-chu. Shuning bilan shu savol tepish jarayonida men nayti bek to'g'ri bir yo'lni tutib olibdiman deb o'yladim. Bek to'g'ri, bek yaxshi bir ishdan birini qilib olibdiman bu qitam. Deb o'zimga bir kishilik nimam ishib ketib qoldi shu. Baho berib o'tdingizda? Baho berdim ham. Chunki bahonimi endi odatda sirtkilar bergan bo'lsa bek yaxshi bo'ldi shu. Sirtkilar berib o'tdi mana to'xtama olqisdan kelayotdi lider qoldi siz japa chekdingiz lider deb. Olib ketib o'tdi. Sirtkilar basmi endi bu o'zimizninki ham nimamizmi
özümüzge körünüp kaldı gençe. Doğru, doğru. Özünü toxtumay bahalap duruş gerekçi o adam. Doğru. Bu işte kanda ayılıp bana. Mesela Kujang Weymeydi doğuk, Kujang elektronu doğuk, Kujang karxana klubu doğuk mesela. Chongdianbao doğuk mesela. Chongdianbao. Mesela Chongdianbao doğuk. Şu işlerin ki hemmisi şu köpçülük bilen paranlaşış, izdiniş, sırdışış jarayanda peyda olup kalıyor. Peyda olgandan keyin endi buni biz ben şu bir bek amrak bir işimning birisi var. Qiyinchilik yo'liqishni bek yaxshi ko'raman shu. Cho'qim bir qiyinchilik bo'lishi kerak. Jiqilib aqsam deb o'ylayman. Yo'q, jiqilsa bo'lmaydi. Jiqilib ketsa bo'lmaydi. Lekin jiqilgan yerdan dast turishni o'ylash kerak. Qiyinchilik. Masalan, ba'zi qiyinchiliklarni o'zim tepib qo'ygan xuyim bor-ku. Mesela ötken yılı 10. ayda aslında bu şirketlerin kuruş planı yok benim kallamda. Bunda şirket kuruş planım yok. Fakat bir maşina ilim setim soğudu sıkıltkan bir Tianjin şehirge. Şu maşina ilim setim soğudu sıkıltkan bir şirketin birinin manguzay. Çünkü bu maşina ilim bizden kesip maşina ilim setim soğudu sevmez mi? Tianjin şehirge aşını kursam onun kendim maşina ilim setim sodam sel terakki qildik. Tianjin'de bir vasılam ekelsem texim yaxshi payt topdik ma deb men maxil plan o'ylab qolgancha. O'ylab bir şirketni o'tkazib oldim. Bunun ismi Jinshan Tianjinlik sodiga deb ma'no chiqdicha buni tarjima qilsak. Shu şirketni setilib, shuni o'tkazib olib, shuning bilan o'ltirib mashinalarimizning setim sodisi qilma deb qurgan, setib olgan buni. O'tkazib olib, shuning bilan bunda o'ltirib, bir şirket qurib qo'yay bo'lmasa 3-4 ni deb bu ism to'g'risida bir kallam ketib ketdi-ku, bir 8-10 kundak ism. Endi buni nima deb ism qo'ysak bo'lar? Bu ichkiriga şirket qursak, endi bu yerdagidek emasdan rohat, parasat deb ism qo'ysak, uzunlam chiqdi-ku bu. Buni ustiga mushay xasla bo'lib qoldi demakchi-da, to'g'ri. Buni tarjima qilish uchun nurg'un vaqt ketib qoladi. Boshqalarga tushuntirib bo'lmaydi. To'g'ri, to'g'ri. Shuning bilan nima qanday ism qo'ysak bo'lar deb. Ama şu Kujang degan bir markani satma deb chiqarib qo'yapti ekan, shu buning oldida birayli. Shuni bir setib olaymi ya deb. Abi Kujang deb qurib qo'yayli desam, bu o'tib qoldi-ku bu ism. Va o'tdi de shuning bilan bu to'rdan tekshirsak bir madam qurib qo'yapti. Shuning bilan Kujang deb ismni qo'yili deb men bu Kujangga munosabatlik butun markalarning hammani yig'ib olgan-ku. Boshqa odamni tizimini tutolmasin. 5 yıllık plan qilibchi o'zimga. Bir 5 yilgacha shu turlarni bir kengaytib qo'ydim ya atogin deb bu şirketlarni qurib qoldik. Qurgandan keyin bu oraliqda bir Beijingga bir chiqib, aylanib keltgan bir ish chiqib qoldi-ku. Bu Beijingga chiqdik. Beijingga chiqib Beijingga borgandan keyin bu Beijingda shu Xinjiang bir tamoqxona izlab qoldik-ku. İzlab o'ltirib bu endi Xinjiang taomlari, oshxonalarininki bozorina ayt yaxshi, sodisi bek yaxshi ekan-ku. Shuning bilan menga bir havasning o'ti tutishib qoldi-ku. Abdukarim akamning etodida havasning o'ti tutishdimi? Havaskarning havasdek bir havasning o'ti tutishib qoldi. Bir dana oshxondan birini mang'uzib qo'ydimi ya, bu ajab yaxshi ekan buning sodisi deb. Birini mang'uzgan bo'ldik. Buni bitkizib oshxona mang'uzgandan keyin o yemeklikmi yaxshi soda bo'g'dak bu yerda. Yemeklikni ham qilimi ya deb uni qilib qoldik. Ama shunda qilib bu cho'ngib ketib qoldi-ku bu ish. Qoldi. Asli sayohatni qilmaydigan ekan to'xtab. Asli şey bo'lmasam bo'libdi ekan-ku. Bo'lmasam to'g'ri bo'libdi ekan, lekin yo'q, menimcha bag'ringiz to'g'ri ekan. Berib, texnik to'g'ri qilibdimi deb o'ylab qoldim-ku. To'g'ri, to'g'ri. Oraliqda bu şirketlarni qurib etdim. Nurg'un shirkatlar ketdi-ku. Ismini o'zimmi, ism tutib olmayman. Voy bu nimanda ko'payib ketdi bu shirkatlar deb.
Aş qurulğan şirketler her xil isimde quruldu deydi şu vaqtda. O vaqt bunun aldıda her xilda. Ben de 40 tane isim battı bunun aldıda. Bunun keyinden bu Kujang degan bu isimni hech kim tizimga qo'zmabdi shu. Shundan bilan bo'ldi, hamma shirkatning ismini Kujang qilib o'taylik deb bütün şirketlerninki, bütün memleket içinde hazır 200 neçe tane şirket olaptı. Muş Kujang'a münasebetlik. Hem bizden ismini almıştırdık. Bir tusaşlam almıştırdık dep hem de hemen bunun aldıda şirketine özlem için kurgança, özlemninki arzu arman için kurgan. Endi Şinjan'ninki mesulatlarını setip çıkarsa nurgun adamlar biyalayken, terakki kılalayken, nurgun yaşlarımız iyilik tikleyelayken muşu bağındıça. Doğru. Endi bundan keyin muşu bir xalqqa bir texmi yaxshi foydali ishlar bo'lsa bir qilib baqilimo ya deb bu ishlarni qilsak bu bek yaxshi bir ish bo'lib qoldi shu. Yeni türler ishlardingiz emasmi? Bu ishlarni qilibmiz, qilgandan keyin endi buni qanday taraqqiy qilg'izamiz deb bu kolliga yana bir ishni boshlab qo'ygandan keyin qiyinchilik bo'ldi deydi. Qaynoq suv, sovuq suv to'kilgandeklar bir ish oldi shu. Sonra ikkinchi ayda endi hech narsa uqmaymiz ham. Endi buni qanday tashviq qilaman, nimani tashviq qilaman, bu nima deyman endi bu atrofimdagi odamlarga yoki bir non sotaman deymanmi yoki bir kiyim sotaman deymanmi, hech narsa yo'q qoladi-ku. Quruqlam. Shuning bilan yana qallaga bir g'am tushdi. Bu g'amni qanday qilsak özüm tapqan balaga nega boray davaga degandek bir ish oldi-ku bu. Hal qilmay bo'lmaydi. Hal qilmay bo'lmaydi endi buni. Buni cho'qim hal qilish kerak. To'g'ri. Endi hozir masalan kelib plan mahsulot sotaman desam hozir satqan, olitqan odamdan satqan odam yo'q. Satqanlar ko'p. To'g'ri. Olitqan odamdan satqan odam ko'p. Hozir og'uvchilarning hammasi sotquchilar bo'lib oldi-ku. To'g'ri. Endi cho'qim buningda iliqi bir jiroqni ko'rib bir ish qilish kerak. Endi bu jiroqni qanday qilganda ko'gil bo'ladi deganda endi bunga mikroskopdek shundaq, o'tkir ko'zlar bilan ko'msak buni ko'gil bo'lmaydigan gap. To'g'ri. Shuning bilan shu do'yin shirkati bilan hamkorlashdik-ku. Hamkorlashib maxsus shu Kujang orqali Şinjan'nınki sayahatçilik, yemeklik, moşun aslında bir qilib baqilimo ya deb bunu qilsak bu pintozlarımız mı köpeyip ketdi orliqda. Bizni tushunitgan odamlar mı köpeyip ketdi. Voy yaxshi qilsa. Finsi qanchalik bo'ldi hozir? 3 milyon net 100 ming bo'ldi. Biroz bektiz ko'paydi jumo, men diqqat qilib turyapman do'yinga. Bektiz ko'paydi. Bektizlar ko'paydi bu pintozlar. Ya bu pintozlar ko'paygandan keyin demak endi u odamlarni biz bu Kujang degan bu markaga chiqmadik. Bu Şinjan'ni yaxshi ko'rgan odamlar-ku bu hammasi. To'g'ri. Bu Şinjang degan bu ismni olgandan keyin yig'ilgan odamlar bu. Şunun bilan 2-oyning 23-kunsi biz mush Beijingdan endi ma o'rildan izlab topolmadim-ku. Buni odamlarni izlab tep olamadim. Şunun bilan bir guruh tashkillab maxsus mush Şinjan'ninki sayohatchilik, yemeklik, ichimlik mush darslarimizni bir tashviq qillar deb bu plan bilan bularni yo'lga soldim. Yo'lga silib so'sam bu haqiqatan yaxshi bo'la qoldi-ku buniki. Buning unumi o'zim o'ylagandek nechasi yaxshi bo'ldi. Shuning bilan ishning eng yaxshisi mushuka. Deb shuning bilan ma mas'ulotlarninki hammasi cho'qim endi bu Kujang deb ism qo'ygandan keyin bu Kujang deganda endi men mening nimamda Qoltis Şinjan deb qo'yib olgancha buniki ismini. Bu ku degan so'zni o'zinimi xalq ku deb biz bek ishiltimiz-ku. Voy bek yaraydi mushda deyaga. Bek chiroyli qo'yilgan ism ekan bu. Men mushtivan so'ramoqchidim. Qanchalik kalla qattirdingiz mush ismni elish uchun deb javob chiqib bo'ldi baydim beri qolsam. Shuning bilan endi buningga biz amma iste'molchilarni men bu pul tepish uchun qilmadim-ku bu ishni. Bu iste'molchilarni oldisam bo'lmaydi. To'g'ri. Endi bu Kujang degandan keyin biz Şinjan'ni tashviq qildik-ku necha vaqtdan buyon. Endi demak bizdan setib olgan har bir narsa Şinjan'dan chiqdi.
Mesela biz telefonlarını soğuk kıldık, aldıda elektriklik neslen soğuk kıldık, buna neslen soğuksak hem de bizden tordaşlarınınki telepinin buldu desem bunu biz sol saraya çıksak sitip alalayımız bunu için. Lekin bizge şu Şinjan'ınki mesulatlardan soğuk kılan bolsanlar, yerlik mesulatlardan soğuk kılan bolsanlar bunu sitip ala desek tepiş test doktor kaldı ken. Tapan mı dok degenden ken vay bu bolt kaçken bu dep maqitim hem de bekaga soğuk kıldıkan bir iktidarı vardı. Bana iti ötüptü. Bekaga soğuk kılmayla bir pulga soğuk kılmayla biz olamızlar dep kılsak. Şunda yaxşı hem de hazırkı nimemiz, hazırkı işlerimiz şu. Şunu bilen mesulat kep kaldı şu. Bu mesulatımız yokulap kaldı. Mesulatımız yokulap kaldı. Bunu mesulat işlep çıkaraylı dep abayım degende hem de Kujang degen bu isimni koyap. Onun kendinden biz Şinjan'ı teşvik kılıp hem de bütün adamlarga Şinjan mesulatlarını satımız biz sizlerge dep verdiğini belgendiyken çokum şoğuğa sönüşü buluş gerek şu. Deyimiz kıltkan öğretini şekillendirişimiz gerek. Bunu kılış için hem de manımız bir ay jarayanda biz tordaşlar bilen alakalaştık. Tordaşlar bilen paranlaştık. Tordaşlar bilen sırdaştık. Bir ay jarayanda şu. Bir ay jarayanda bunu sırdışıp bana bugün gün kege vakitinin özüde bayam degende hem de bu Kujang'a münasebetlik bütün materyallarının hemmisi Şinjan'da ba. Şinjan mesulatları ba. Şinjan mesulatları bolgandan keyin biz muşu Şinjan'daki muşu halk bilen. Mesela Kujang taamlari dep bir şirket kurdukçu. Bunu hazır ben bir 20'ge yakın ülke kengaytip buldum. Şirketini kurup kengaytip koydum. Bunun gama Sodiga çağırışını başlayayım muşu bir muşu 3-4 günlergişe. Hem de bu tamak dedik mesela. Bu Şinjan'ınki tamaklarını kengaytmek için içki ülkelerge. Hem demek bunu kengaytkendan keyin bu içki ülkelerge Şinjan'ın taamlarını kengayttık dep deyle hazır mesela şuna va. Şinjan'ınki taamlarını içki ülkelerge kengayttık hazır biz. Demek bu tamakla kim itido, kim itido dese bunu Şinjanlık ustamla etip çıkır deyin. Demek bu Şinjan bilen ayrılanmaydı bu işler. Hem de bu mesulatlarımız Şinjan'ınki mesulatları. Şunda bolgandan keyin mesela hem de bu işlinde ben kallam xili işlep koydu mesela bu işlinde ben kılay deptim desem mesela hazır bir kıyınlayotgan bir mesele ma mesulat yok. Mesulat yok. Mesulat bolmagandan keyin bütün küçümüz bilen mesela ben mesulat tapay deptim desem ben bunçilek işini kıladım. Ben mesulatını 4 günün içinde tapalayım ben. Ben kanday yerini izlep tapay deptim desem tapalayım ben. Lekin men xalqqa şunda va'dini berdim, çoqum bergen va'damni amalga oshirishim kerak. Endi va'da nima degan vaqtning o'zida Şinjan mahsulotlarini biz Kujang orqali setib chiqaramiz. Ichkari o'lkalarga kengaytib chiqamiz. Şinjan taomlarini Kujang markasi orqali ichkari o'lkalarga kengaytib chiqamiz deb shunday bir muncha va'dini bergandan keyin bu quruq gapga aylanib qolib, atogin iste'molchilar bizni norozi bo'lib qolgan. Manda holat chiqib qolsa bo'lmaydi. Shunga muşu bir ay jarayonida biz mana muşu meselelerni hal qildik. Bu meseleler hal bo'lgandan keyin hamda demak bizningki masalan bu Kujang hozir men bu Kujangga munosabatlik butun ishlarni qilib bo'ldim-chu. Bu Kujang deb bir aptitali qurdim. Buni hamda ilan qilmadik. Men sirtqa ilan qilmadik. Endi men kunda shu masalan muşu hozir biz qilayotgan jiborimiz muşu kılıvatkan bevas taqitişimiz aşınada çıkıdı. Aşo epti çıkıdı. Bu ne maşu doyun süpsqa oxşaş belkim onundan mı yaxşırak qılıp ça meningki planım. Bunun da nima yo'q. Bunundan mesela mal setib olalaydı. Maşında faaliyet her günü faaliyet qilamiz bundan keyin. Köngüleç nimaları ba? Mesela maşu doyunninki o'xshash nimaları va? Mesela Şinjan'ınki manzaralarini chiqaramiz bunungacha. Dönşipin işlep. Dönşipin işlep mana shunday. Onun kendinden bunun içinden mal setib olalaymiz, Şinjan mahsulotlarini setib olalaymiz. Taksi to'sish, mesela telefon puli qochilash, mashina setib olish, mashina setish, uy setib olish, uy setish mesela. Her türlü uçurlarını nima qilish. Hem de bütün mesela bir adamninki hozir telefonida
Ben bunda hesaplap baksam benim telefonumda 70-80 tane app olarak iskenço. 70-80 tane app olarak isken. Hem de biz bütün Şinjanlıkka bunun denken, Şinjandaki adamlarga hem de işkirige mo kengayt bunu devletler kıldıkça. Mesela işkiri ülkelerge mo kengaydi bu. Mesela Şinjangda bunun denken bir tallam Kujang app bolsa, demek bütün ihtiyacının hemmini qamdığılı olutkan aşının içinde. Hemmisi şunun içinde var. Hemmisi şunun içinde var. Mesela kino görmediz, kino görelayotgan, haber görmediz, haber görelayotgan, taksi to'simadiz, taksi to'salayotgan mesela. Mana bugünküdek muşunda faaliyetlerini görmediz, faaliyet görelayotgan, faaliyet qilmadiz, faaliyet qilalayotgan aşının içinde. Muşunda bir naite iqtidarları hemmisi toluq bolgan mesela muşu 30'ga yaqin APP'nin hemmini işçiga mücessemlegen bir aptitali qilib qurib chiqamiz deb. Mesela bu bir işi tıxa. Bu bek çok filan gece bu. Bu işni qilib bolduqchi ma? Tordaşlar tushirib Az alsanglar günde ilan qilamiz da. Ya hozir ilan bo qildik, lekin bu yasavotgan narsa bo'lgan ekan, torning narsasini men tushunmayman emasmi? To'g'ri. Bu tushunmagan, torning ishini men tushunmagandan keyin ben bunu o yerimde olab qapti, o yerimde olab qapti deb shu kun tekshiryapman. Endi buning oldida men bir 2 yilning oldida bu o'sha APP'da bir zarba yegancho. Qandaq? 2 yilning oldida men amroq mashinam deb bir APP'dan birini e'lon qilganmiz. E'lon qilib, o'sha APP'da azroq tordoshlarimizninki bizda azroq haqq qolgan, azroq pulay yotarak turuk degandek. Endi bu narsa to'liq mukammal bo'lmagan vaqtda buni yo'lga chiqarib qo'ysak, bu tor degan bak xatarlik ishkencho bu. Bu boshqalar ziyon zahmatga uchrab qolgan, boshqalar iqtisodiy jihatdan nima qilib qolgan, menda ish yuz bersa bo'lmaydi. Shunga buni 3 oy oldi yasab bo'lgan. 2 oyning oxirida yasab bo'lgan buni. 3 oydan buyon sirtqa oshkorlamadik. Aşı bütün toluq bo'lganda onun kendinden aşkarlayla, sırtqa teşvik qilayla deb bunu pek sırtqa davran sanmay tutuq hozircha. Mana muşunun o'xshash, toluq bitgan vaqtda mana muşunun o'xshash bizninki mesela aptitalimiz. Bu aptitaligim bek jiq mablag' mikatti, vaqt mikatti daga. Mablag' xilobdan ketib qo'ydi endi buningga. Bu qitim biz mana muşunun mesela o bir nimasi hamda. Mesela onundan başka doyun süpümüz deyimiz, ündüdar salonu deyimiz, marka deyimiz bununki. Mesela nurgun markası var bununki. 45 türlük markanınki hemmisi bizden kolumuzda. Bu şirketke münasebetlik bütün şirketlerin hemmisi özümüzden kolumuzda. Kujang'dan yeni birisi yok da. Hem de kuruvapta Kujang'dan xaynenge birini kuruvapta. Lekin kuruvası mı hem de. Mesela nurgun tordaşlar. Sizin teşvikatınızı qilgandek bo'g'dak o'ylab baqsa. Hem de asasen shunda bo'lib qoladi. Bu Kujang'a men bu qitim bek kuch sarf qildim-chu. To'g'ri. Biz is qilib turibdimiz. Biz is qildik. Buning oldida men faoliyat ilib borgan. Oyda bir qitim faoliyat qilsaqmi, bizning faoliyatimiz jiq faoliyat bo'lgan-chu. Bu qitim bir oy qilib hech ma o faoliyat tugatgandek emas. Yan davamlaşıp qaltqandaklar göründü. Çünkü bu qitim işimiz sel çoğuyup ketip qaldı-chu. To'g'ri. Lekin unumi yaxshi bo'ldi deb o'yildim. Unumi haqiqatan yaxshi bo'ldi. Unumiga gap to'g'ri kelmaydi. Bu qitim Kujang orqali Şinjangni ko'ralayotgan, Şinjangni tushunalayotgan, Şinjang mas'ulotlari masalan ichki o'lkalarni misol olsak 1 milliard 200 milyondan artıq nüfusu var çoğun devlet devletimiz. Dünyadaki 5 adamның birisi bizning devletimizde. Şunama? İçkiri ülke mesela Şinjang'da 25 milyon 300 ming statistik chiqiribdi maqitim. Eng yangi statistika. Mush bo'yicha bilsam 70 hessiga yaqin çoğun baza boşluğumuz var ekan, şu bizniki. 70 hessiga yaqin çoğun baza boşluğumuz var ekan. Endi biz buning oldida bir hissa terishgan bo'lsak, endi bundan keyin 70 hissa. Yani biz buning oldida bir kun faoliyat o'tkazgan bo'lsak, endi 70 kun faoliyat o'tkazmasak bo'lmaydi degan gap. Şuna bu çoğuyup ketib qoldi edi. Bu çoğuyup ketib qoldi bu. Çoğuyup ketgandan keyin şuna endi buningga endi ketarlik odam kuchi deymiz, ketarlik iqtisod deymiz, ketarlik endi bunun ketarlik
ovqat narsalar bir qadar jiqimdi ma ishqa nisbatan. Lekin bu qitim men bu ideyamda to'liq tayyorlikni qildim. Bu qitim mana shu Kujang orqali shu bütün Şinjanning mahsulotlarini masalan Şinjanga kelib nani sayohat qilishni bilmaydi nurg'un odamlar. Mana Kujang boslan bo'ladi emasmi bunga? Kujang Şinjanga kelib masalan ijara mashina setib olmoqchi. Kujang boslan bo'ladi emasmi buningki eng yaqin og'inisi. Şinjanga kelib tamoq buyurtmoqchi. Masalan Kujangdan qislan bo'ladi. Mesela işkirde bir tordişimiz bizdenki bir Şinjanlı bir körep bakay, kandarak yala vardı o dese. Mesela bu Kujanlılar köyse hem işlere aydın olurdu o diyenge. Hem bunu bütünle aydın kılamısak mı? Bunun içinde mi Şinjanlı şu internet toruğa kirgizip bakayım. Bütün nememizden şu mesela Uygurlarınki usulü var mesela. Şuna bak Uygurca usulü var mesela şuna bak. Bu intayın bütün dünyaya danlık bu Uygurca usulü var şuna bak. Mesela tamaklar var. Bu tamaklar mı intayın danlık. Demek bu şunda işlerin hem bunu uğurlaştırıp kallık katırıp bu şu işlerini mesela ben bir ay sefer kıldım şu aldım kayda. Özüm yalğız bir madem yok. Yani özüm yalğız Ürümçiden yolga çıkıp bir ay etrafıda vakit gitti. Ürümçiden yolga çıkıp bütün Şinjan'da şu aylanıp çıktım. Özüm yalğız. Aylanıp çıkıp şu jarayanda muşununga kallık atıyordum muşu işe. Mesela muşu bir ay oldu muşu yerde bevasıta akış çıkılıp atıldı. Ben muşu bir ay jarayanda ben hiç kanda bir yerge bir ay az kaptı. Bir yerge bir minut vaktini israf kılmadım oylap baksam. Ballağı jığnaştıqa şu anda bir ayın yıkın adam var mı bizden şirkette? Bu ballağı jığnaştıqa şu var. Bu ballağı jığın başmaptı mı oylap baksam. Ya gap söz vardı, gap söz mü kılmaptı mı? Hatta anamgıma telefon vurmaptı mı şu bir ay içinde. O qağan nəsil şüphet işlam qapdı, etken işler şüphet işlam şu yagılam kelip toxtapdı. Vaqtınca ma işle toxtap toğaşdısın meyli. Lekin ma işqi çoqum yaxşı muamele qılmısaq bolmaydı. Bu bek çoğun iş olğandan keyin dep. To'g'ri. Mesela endi bundan keyin bütün Şinjanga kelgen ve Şinjang içinde mana shunday bir ish qilib atgan adam Kujang degan bir ismni bilsa, mesela Talla bazarımız hazır 100'ge yaqin Talla bazarım var meniki. Şinjang ichida mi? Xil cho'nglov benjima. Bu Talla bazarın 500'ge ish qilmas. 500'ge ish qilmas. Mesela hazır Şinjangda bir mesulati var deylar mesela shunami. Hazır birden bir mesele hazır şu mesulatımni qanda setib chiqarish. To'g'ri. Hazır bu bek ig'ir masala bo'lyapti. Qanda setib chiqarish. Bu qanda setib chiqamaysiz bundan keyin mana men bizlar aloqalashsangiz bo'ladi. Chunki 500 dona Talla bazarı qurma. Bu Talla cho'qim yaxshi mahsulot bo'lish kerak bu. To'g'ri. O cho'qim yaxshi mahsulot bo'lish kerak. Men 500 dona Talla bazarıga milingizni taqib etma. Milingizni taqib etma degan gap. Demak men bir kech kunduz ishladim. Sizningki bütün Şinjang ishiga milingizni kengaytirish orzuyingizni amalga oshirib berma demoqchi. To'g'ri. Undan boshqa endi buni ichki o'lkalar kengaytmoqchi. Hozir bir 20 ga yaqin o'ringa shu maxsus Şinjang mahsulotlarini taqitgan, satitgan, bevos taqitish uyi degandek o'rinlardan 20 ga yaqin o'lka shaharga hozir shu ishlarni qilyapmiz. Bu ishlar kengaygandan keyin demak buningki ichki o'lkalar kengaytish orzusi amalga oshadi degan gap. Bizga yaxshi mahsulotni ishlab chiqarib bergil tursa. To'g'ri. Demak ham biz setishdan bilamiz bundan keyin. To'g'ri. Mesela bu jarayonda bizningki yana bir dona şirketimiz var. Karxana klubi deb. Mesela bu karxana klubini men chiqarib oldik. Bu chiqarib olishdagi maqsad nima desa, endi mening mushunda bir mahsulotlarim bordi yoki mening mushunda bir shirkatim bordi. Iqtisodiy jihatdan ozroq qiynalib qoldik yoki unda ishlar yuz berdi desa, bizning klubimiz orqali buningki esan iqtisodiy qiyinchilikni hal qilamiz buningki. Hal qilgandan keyin demak bunun içinde de kırılı bulmaydıkan iş asasen yok. Demek
Karxançılarga mı yakın durumuz, xalq ammasıga mı yakın durumuz, hammasının ihtiyacını qandayımız demekti de. Şu. Hem de moşu iş hazır bitkenden keyin demek bütün Şinjan içinde sen moşu boyunca hesaplasak neçe milyardlık mal mülk var şu. Mesela milyard neçe milyardlık mal mülk var. Mesela bir orundan üzüm çıkıdı, bir orundan nime çıkıdı şunda ama neçe çıkıdı, alma çıkıdı şunda ama. Çıkıdı degende. Muşu ve setiş noktaları muşuna en tez surette işkir ülkeler bilen yüzlünüdü 70 hisse çoğun boğan bazağa. 70 hisse çoğun boğan bazağa yüzlünüdü bu adam poça baynamalıstek ultra falan. Pul sanısılan bolu da öyle ultraça. Bizning bu şirketimizdeki ticaret türlerimiz terakki kılıdı diyenge. Bizim terakki kılalayımız etrafımızdaki adamlar mı terakki kılalaydı. Doğru. Şuna hem de bu şirket bu qitim muşunda bir ay davamlaştı bu qitimlik işlerimiz. Hem de bir ay jarayonida men mujik ögendim. Tordaşlarımızga mujik tushundirish ilib bardik. Muşu bir ay bek ma'nilik, bek ehmiyetlik, bek köngüllük bir ay oldu. Bo'lmasa men buni hesablasam aslında 3 şirketni 6 yıldan vaqt kessem ha işlerini men kengaytishga kallam raslam gözüm raslam yetmegen. Doğru. Mana bu qitim yani tordaşlarımız bilan birlikte bu işlerimizni vücut chiqirib oldik. Vücut chiqargandan bir gap Beğişliğe vakitte andın ağılı bulduğu depçu. Aldı bilen sizinki iş kılış usulunuz ben bunda oylap baksam başkaları beğişlaşını aval başlaydı ikensiz. Aval başkaları berip mesela sanatkarlarını ekiliş arkalık bir ay jarayonda nurgullar soraydı. Mesela satamdı ki bu yerden yemiş bakya zat qanday qilmoqchi deb. Siz bu arkalık sanatkarlarımızın naqsı arkalık bir huzur beğişlediniz da tamaşalarga. Şu arkalık kişiler andikin şu beğişliğen adamga, şu beğişliğen sahipxanga qiziqib baqdı da. Siz şu taraftan utub aldınız. Mana özünüz dediniz, ünüm ben oylagandımı yaxşı boldu deydi. Beğişlaşның nəticəsi də. Muşu qitim, muşu işlerimiz terakki qiliblam kesse nurg'un qiyinchiliklar hal bo'lib ketdi. To'g'ri. Nurg'un tordoshlarimizningki egilik tiklash orzulari amalga oshib ketadi. Chunki bu hozir masalan nurg'un balla bika. To'g'ri. Nurg'un balla bika. Ish qilsanglar bo'lmamdi, tijorat qilsak bo'lmasa, oqmasa, buni qilmasa deydi, tushunami? To'g'ri. Pul tapmaq tezleşip ketdi, anda qilmaq tezleşip ketdi, manda qilmaq tezleşip ketdi. Mana bundan keyin hamda bir hayatlam odam bo'lsa, buning ichida men bir ish qilaman. Masalan, shu naslni, mushu naslni ishlab chiqardik shundaymi? Abi koydiyisini olsun qıpbaglar odam ketdi demasmi buniki? To'g'ri, amga kish ketdi. Masalan, hech qanday bir men bir o'qimagandim, bilimim yo'q deydigan bo'lsa, jondan boshqa hech narsam yo'q menda. Bir koydiyisini olsun to'shing baninki. Desak bo'ladi emasmi masalan? To'g'ri. Demek sizde şu emgek küçüğünü iş orunlaştırdığın orundan tatıp ba. Mana şunda aletli şekillendirip ettik. To'g'ri. Hazırdık biz ma taraftakini tilga aldık, ma taraftakini tilga almadık deydi. Bunday hisoblab kelsak. Buninkini tilga alsak bek jiqish chiqdi-chu. Mesela tamaqxona, mesela. Sayohatdan tatib mashina ijara berish, yemek-içmek, jiqishgan bu. Bu qanday yetishayotgansiz? Bununla bu yetiş ketmeydi. Rasmiysen bir şirketning özünü, bir türünün özünü vücutga chiqarish uchun mu kecha-kechalab uxlamay, kalla qatirib, charchab, kasalib ketayotgan kishilarimiz mi jiqchu aramizda. Shuni deyman, bir qator shirkatlarni qurib, ichki өлкәләрдә taraqqiy qilib, mana abay dedingiz, çavuşlarni, shirkatlarni, shirkatlarning gapini qildingiz. Musha bir gap borchi, bir maxfiyatliklar bor. Endi mushu ancha buncha nimalarni ko'rib qolamiz-ku. Mushu yerda bir gap bor mushu. Mushu hozirgi mush jamiyatda butun naqshlarimiz-mi mush muhabbatni kuylab naqsha eshitgan bo'la qoldi-ku. Bu nimishqa desa, bunda o'zinglar yaxshi ko'rgan odamlar bilan turmush quringlar, o'zinglar yaxshi ko'rgan degan bir gap bor emasmi? To'g'ri. Endi bu o'zi yaxshi ko'rgan bir odam bilan turmush qurishdagi maqsad nima desa, ko'ngillik o'tish. Hayotdan huzur tepish. To'g'ri. Endi bu tijoratmi shunga o'xshaydi ekan-ku.
Yani özü yaxşı görgen bir ticaretini körse adam öyle onun ança muncha azapları olsun mu? Azap görünmey adamın gözüge öyle neme görünüp kisken öyle ma hoşallık işler görülüp kisken. Mesela ben bu işlerini özüm yaxşı görüp kıldım ben bunu. Hem bunu mesela bu işini mesela bir adam yaxşı görmedi. Bu işini yaxşı görmedi de perez kıp turayla hazır mesela şuna. Bunu mümkün emez. Bunu bir qançız alim profesör bir yagi jığılıp mı? Bunu bundaq başka ilip çıkışqa mana ben to'liq kapalat qılanmaydı bu işni. To'g'ri. Lekin men yaxshi ko'rganligim uchun buni kunda nima ish qilasiz desa, kunda mush ish uchunla meniki zehnim mushuning qilam. Çünkü bir yaxshi ko'rgan bir odamni odam shunda avaylaganga o'xshash, shu odam uchun odam barlig'ini ataganga o'xshash. Men bu bütün barlig'imni mush ishlarga atib etgancha. Bu ishlarga atib etgandan keyin nurg'un to'rdoshlar shunda so'raydi-cha, nurg'un odamlarimiz shunda so'raydi. Qanday yetish bo'ldinsiz buningga dedi. Endi men buningga qiziqdim. Men qiziqqandan keyin bizninki yana qiziqitgan odamlarni tepiyapmiz-cha men hozir masalan. Mushu ishlar qiziqitgan. Mushunda bir orzuyimiz o'xshash bo'lgan shunda odamlardan odam izlayapmiz. Bu odamlar bilan birlik kelgandan keyin, bu odamlar bilan birlashgandan keyin bizning ma ishlarimiz texmi ilgari surildi-cha. To'g'ri. Ko'pning kuchi ko'p pul emasmi? Shu. Shunga odam Başında özü yaxşı görgen bir işqa eriş üçün adam aşında özlügeden otomatik tiriştkan bola qaldı kenço. To'g'ri. Lekin özümüz yaxşı görmedik mesela. Yaxşı görmegenden keyin buni har qancha mesela bir şirketni manguzgan yoki bir ishni qilgan desimi qilmaymiz. Lekin özümüz yaxşı görgenden keyin mesela nurg'un mening mo hamda bizning şirket hozir hamda Şinjan ichida Endi bir kadar ta'sir dairesi bor. Bir şirketga aylanib qoldik. Aylanib qolgandan keyin bu aylandik degan gap endi biz endi hammasini egiz ko'rinayotganmiz-cha. Boshqalarga hammasini egiz ko'rinayotganmiz. Ham egiz ko'ringandan keyin buningga kelgan shamollarimiz bakroq kelgan. Bu şirketning lam ishi olgan bo'lsa, mayli onundan boshqa nurg'un ishlar bor yana buning uchun mesela. Qiyinchiliklar bo'lib atgan nurg'un ishlar bor. Lekin bu qiyinchiliklarni men o'zimni aytibek sharaf his qilaman-cha bunda qiyinchiliklarni. Chunki men bir hayot kelman. Men bunda bir qiyinchiliklar bor. Demak bu qiyinchilik mesela qanchalik bak cho'ng qiyinchilik uchrarsam men shunchalik bak xushal bo'laman. Chunki bu qiyinchilik odamni oldin qaytam bir ney bilan Kiymasquning hikoyasi deb bir narsani o'qib qoldim. Mushu Kiymasqu nega debdi-cha? Bu ikkiladan o'xshash bambukdan yasalamiz. Bu seni bu Musho seninki igen hem de. Senin igen seni şunda avaylap, aşu paqırtıp günde şunda nayt edvarlık orla koyup koyken bu mene aşu sırtlağı çıkıp aşu nerede şamal olsa, nerede aptap olsa şu yagi isip koydu mene. Lazım olsa da ayda bir aqitim lazım kılıdı. Ben bek azaplandım degenden keyin yana bir ney şunda deykençe. Aldırma dostum. Seni öz vaqtda yasığa vaqtının özü de bıçaqni iki tarafından iki qetimlam urib seni bunda yasıgan. Endi meni bo'lsa mushu bir ney bo'lish uchun tuman qetimliq bıçaq izlari tekkan menga. Shunga meningki egammi nurg'un ajr qilgan menga. Ajr qilgandan keyin şuna meni aytib olamiz bo'lmaydi. Tushunama? To'g'ri. Endi men mo dal shuning o'xshash-cha, mening kiymas qo'lab qolg'im yo'q. Mening mashina bir ney o'g'im bor-cha. Endi bu ney bo'lish uchun balkim ba'zida ashundoq ancha-muncha sirtlardan ancha-muncha nimalar tegib qoladi buningga. Endi chunki
aşı egiz ösken daraxtga shamol bektiga do deb bu Abdukerim Abduzakam shunday bir it o'tdi degan. To'g'ri. Qiyinchiliklar bo'ladi. Qiyinchiliklar bo'ladi. Bu qiyinchiliklarni hal qilamiz. Yana ko'paydi va yana hal qilamiz. Mana shundaq mushtariqida taraqqiy qiladi-ku bu ishlar. Shunga shu yaqin kelgandan buyon qiyinchilik masalan qiyinchilik desa xiyolimga kelibmi chiqmaydigan bo'la qoldi. Qiyinchilik desa u bana hech qanday bir ta'sir qilmaydigan bo'la qoldi men yaqindan buyon. U ish ta'sir qilmayotgan menga. U masalan nurg'un qiyinchiliklar yuz berdi. Shu 5-oy ishchidimi nurg'un qiyinchiliklar yuz berdi. Buni so'zlab kelsak gap bak chiq. Lekin bir tal xiyolimga kelibmi chiqmadi. Chunki ana shu qiyinchiliklarni yenga olsam, to'g'ri. men nimaga neyga o'xshayman. To'g'ri. Bu qiyinchiliklarni yengolmasam, bu shu kiymas qo'g'lam o'xshab qolaman-ku. Shunga shu qiyinchilik keptimi. Men butun kuchim bilan buni hal qilaman. Hamda hal qilish jarayonida ba'zida to'g'ri tushunishga ega bo'lganmiz, ba'zida xato tushunishga ega bo'lganmiz. Lekin meningki ko'nglimda u hargizmi bir odamni xato tushungizib qo'yish yoki bir odamni bo'zak etish yoki ahmoq qilish degandek bundoq nima yo'q-ku. Shunga bu qaytam hamda bu ishlarni qilib bo'g'ichi nurg'un jafolarni chekkan bo'lsam-mu Mellem emasam japa chekayotgan-ku. Masalan, bizningki shirkatda mingga yaqin xizmatdoshimiz bor. Mingga oz qoldi bu xizmatdosh. Shu xizmatdoshlarimizni misol olsak, bularning kalendarida dam olish degan narsa yo'q. Kalendarni chiqarib aytgan-ku buni. Dam olish degan hukm yo'q. Bularningki kalendarda kömedi deb manda nima yo'q. Ko'z qarashlar yo'q. Bularningki kalendarda yeb ketami, ishib ketami degan nima yo'q-ku. Endi shu guruhni yetaklash uchun mening 6 yil vaqtim ketdi. 6 yil. Endi hozirgi gap bo'yicha bir-birimizga shunday yaqindan hamra bo'ldik, yaqindan yo'lidik, yaqindan qo'lladik, qiyinchiliklar bo'lsa tang yangdik, xushallanarlik ishlar bo'lsa birlikte bahramon bo'ldik. Mana bugun kunga shu xizmatdoshlarimizninki ham shirkatda masalan shirkatning ichida odatda men ko'p qism ishlarni ko'pchilikka demayman-ku. O'zingiz hal qilib yetasiz. Demayman. Endi hal qilishga tegishli ishni o'zim hal qilaman. Masalan, ma ishlarni men deb baqmagan, hech kimga deb baqmagan. Bularmı tordaşlar bilen birlikte anladı tehe. Şu tordaşlar bilen birlikte anladı. Bunun hemen şu kallamga bu pişmegan, bitmegen bir işine bu hizmetdaşlara desek, yani bir gapni 10 adam anlasa, onu 11 xil, 12 xil qilib o'sgan. Shu ko'payib herkes azaytib o'tmaydi. To'g'ri. Shunga bizningki shu xizmatdoshlarimizningki qo'llab quvvatlashi ostida bugungi shu Kujang guruhimiz barliqqa keldi. Bundan keyin texmo yaxshi tirishib shu biz bilan tanishgan, biz bilan uchrashgan, biz bilan qo'l ilishib ko'rishgan, biz bilan bir yo'lda mangan din başlap her kanda bir adam bizden ben ma adamdan ziyan tatip kaldım. Yani ma adam beni ziyan uçurattı deyken emez. Belki muşu adam bilen muşu adam uçurap yani muşu şirket uçurap bizge men muşunda bir muvaffakiyetlerin muşunda bir işlerini kolgu keltirdim deyken bir şirket buluş. Bunun keyinki arzu nişanlarımızca. Şuna bu işlerinki hemmisi şu etrafımızdaki adamlar için. Doğru. Bunu mesela devese hem de bayam degandek ammas mata zorlap sata degandek hem de bu tordaşlarımız oylap qilishi mumkin hem de. Bu ishni oldin qaytim bir narsani ko'rib qoldim. Shunda bir odam bir ishni
bir adam kısa. Onu nezirimiz kılmakemiz. Onda işim bağımı bir yerde. Onu adam kısa. Közümüz azırak dikkat kıpmak dikemiz. 20 adam kısa. Onun kendinden vay mavu iş. Boltken tok esilde ekemiz. 50 adam kılganda eken keçikte emde. Ma işinde ekemiz. Şu moşunda bir işlaken bu cemiyetteki. Yani bu işlerini kılınla, itinla dep biz desek, endi köp kısım tordaşlarımız oylap kılışı mümkün. Vay bu adam kıgılı olmayıtkan iş. Bu. Anday iş, manday iş dep. Fakat biz bir ege mesela bayan sorduğumuz goylık. Kanda sözleyimiz dep. Bu sözleş usulunun ben özgeci bir usul kıldım çoğu yerde. Mesela materialdan birini yizip, çıkıp, mesela mendim bek yakşı sözlü usul kademler var çoğu. Doğru. Aşılardan birini ekilip PPT birini yasapmaya gel. Mana bizden şirket markalık, bizden şirket oğan bulup, bu şirket manda oğan bulup dep bunu sözlüse mendim bek yakşı şendiriyordu da. Lekin ben bundan kılmadım. Fakat muşu tordaşlarımız bilen gerçi biz bir sorunda ultramıgan bolsak ama bir yerde ultramıgan bolsak uça. Bir yerde ultagandek kıyafette. Yakın arlıktın. Yakın arlıkta durup mesela bu adam bu eslem manda ben özlemleriniz çok göz sürüşemez ço. Siz be kemterkensiniz mi? Ben hatta çok göz sürüşemez. Özlemde bir çok göz etsem falanımның bir mançılık pulusu varken dep kalsınken ya ki mançılık şirketi varken dep kalsınken degen bunda nimem yok. Fakat endi mening burun aşında bir arzularım bolgança. Çoğ işlarni qilsam. Çoğ işlarni qilsam. Endi şu dünyada birden bir qo'rqinchli odam arzusi bor odamcha. Ma adam bu bek qo'rqinchli. Xotirjam uxlayolmaydi. Xotirjam uxlayolmaydi. Bu arzusi bor odam bek qo'rqinchlicha mening kelimamda. Şuna ben bu arzusi bor odamni izlayapman. Shunda bir arzu armanlari bor odamni. Mesela nurg'ullarda ekan pulim yo'q. Anasem yok, manasem yok dep. Yani bu iktisat, bu pul degende tif bolsak mesela. Bu tif bolgandan keyin nima qilamiz şirket qurup? Bu bir azap bu şirket qurish degancha. Bu akşam so'lib mesela nurg'un xizmatdoshlarimiz bor. Hozir maosh taqsis qilib 700 odam borman. Maosh taqsis qilgan. Demek bir gün o'ssa menga qanchalik chiqim bo'lganligini to'g'ri. Men oyda 3 milyon maaş taqdimamış ballağa. 2 milyon 500 mingdan 3 milyongacha maaş taqdima. Mingdani ijara mashinam bor. Her kunligiga ijaraga mingda mashina. Dukandan o'zimizninkilar ijara to'layotgan dukandan 100 necha yerda dukan bor. Demek bir gün ösü bir günlük çıkım diyen yazılıp. O bir günlük çıkım da doğru kep koyup kalsa belkim ben yalnız bir adam heclisem bir günlük çıkımlam. Günlüğü min koydun heclisem belkim bir yıl yetişim mümkün. Bir günlük lam çıkım var. Bir günlük çıkımdan özü gılam. Kerim mi buludu hem de bu çıkımlan buluyor vermeydi şu. Doğru. Şu an bu çıkımda fakat oyluğum yok, esligim yok. Fakat sizni oylandırıp atqаны yanına en çok arzuyunuz da. Meni qilib atqan arzularım. Mening bu hech qanday bir alayetlikim yo'q. Bir alayet adam emasman bucha. Men faqat shu tordoshlarımizga o'xshash shu bir qancha yilning oldida shunday bir egilik tiklayga desa, maktabga berib tizimiltib baqaymi, palonimdan o'ginib baqaymi, pistonimdan o'ginib baqaymi. Dep aslında turvatkan bir yaş mema aşının vaxtıda. Bu vaxtı yaş toq hem de hazır otur yaş bulab qaldık. Otur yaşlıqlar davriga qadam qo'ydik. O vaxtda aslında yaş toq. Şu vaxtlarda aslında arzu var. Şu planımdan qışqı barsam bir ütüp qo'yam ya. Pogonimdan qışqı kelsem, lekin men kelsem qimmat şu bu braderlarimiz. Şunu bilan mening arzuyum sal kechikib ichilib qoldi. Sal kechikib ichilib qoldi. Endi men bana o'xshash shunday arzu armonlari bor odamlarni izlayapman. Chunki bu ishni men bunda qilib qo'ydim. Men manchilar qilib qo'ydim. Men mayun oldin qitim bir yig'in ichib pensiyaga chiqib vaqt shu bir gapni dedi. Mayun deydi-ki,
men bugünden başlap men pensiyaga chiqime, tordaşlar. Xizmatdaşlar. Pensiyaga chiqime. Endi belkim nurg'unlaringlar o'ylashinglar mumkin, mayun yo'q, biz ma ishni qilolmaymiz, mayun yo'q, biz ishni qilolmaymiz deb shunda o'ylashinglar mumkin. Lekin men sizlarga bir haqiqatni so'zlab berib o'tay. Öz vaqtda deydi, öz vaqtda mening cho'ng dadam mening dadamdan nayt cho'ng faxrlanibdi ekan. Chunki cho'ng dadam qilmagan ishni dadam qilibdi ekan. Dadam mana endilik kelgan vaqtda dadam mendan nayt yaxshi faxrlanayotgan bo'lib qoldi. Chunki dadam qilmagan shu ishlarni men qilyapman. Dedi. Men buni bunda o'ylab qoldim-ku. Degenden keyin bek asosi var gapkan bu. Ya'ni biz etrafimizdagi odamlarni hech ish qilolmaydi deb o'ltamay, balki endi biz azroq nima qilib bersak, sharoitlarni yaratib bersak, to'g'ri. Men qilolmagan nurg'un ishlarni balki ma etrafimizdagi bu odamlar qilib o'tishi mumkin. Endi bu odamlarda oldimizdagi bu to'rdoshlarimizda nurg'unlarda mana bir orzular var. Mesela şuna bak, bir arzuları var. Bu arzularını amelga aşırısı var. Lekin bazı özüge özü cüret kılamaydı. Doğru. Nemini biletkallıkını bilmeydi. Doğru. Evet, nemi işini kılamaydıkallıkını bilmeydi. Bilmegenden keyin bu nayta adamdaki en çok yo'qotishi bu. Doğru. Lekin deppese Kılalaydı. Vay, muşu işmitdi asla. Şuna To'g'ri. Mush ishmitdi, buni kim bilmaydi. Buni men qilayotdim emasmi? O burun deppasim manda. Deytgan gap. To'g'ri. Lekin deb berishning oldida bek qiziqdi-shu. Bek qiziqdi. Voy, shu ishni bir o'rgansam, uni qilsam, buni qilsam, masalan, igilik tiklash to'g'riliq dars anglaydi. Anlab, qilimizmi, qilimiz, itimiz deb bo'lgan toza hayajonlanib chiqib, atis kelganlar shapidaklar, voy bu tunugun qilimiz, itimiz deganlar bu. To'g'ri kelmaydi. Igilik tiklash degan nima desa bu bir tam silishga o'xshaydi-ku bu. Bu tam kesakni birdan ilib tizimiz. Endi buningga ilimekar o'ylab qo'ysak, ulug' ilimekar o'ylab qo'ysak, buni 4 qavat, 5 qavat, 10 qavat qilib saldik desak, bu o'rilib ketadi bu. To'g'ri, uni ching bo'lmaydi. Cho'qim ulini chingdab, shunda yaxshi ilib minish to'g'ri keladi. Endi buni ilib minish uchun biz endi bu asan xizmat emas bu. Buni yoki bir odamdan bir dars anglab qo'yganga yoki bir o'rganib qo'yganga. To'g'ri. Bu ishlarni qilib olmaydi. Endi nurg'un to'rdashlarimiz mendan shunda savollarni so'raydi. Siz o'sha igilik tiklash jarayonidagi yo'liqqan qiyinchiliklaringizni deb bersangiz, yoki qanday bo'lib igilik tiklagan, yoki anda bo'lgan, manda bo'lgan. Men deb bermayman-ku buni. Nemishqa degan vaqtning o'zida men deb bersam, men buni men amaliy Muşu Eli muallimninki aldın qaytib qilgan bir gapi yodimga yetib qoldi-ku. Muşu bir jamini var bu gapniki. Muşu rost gap qilgan odamga qichib ketgan otni yaqib qo'y debdi. Chunki bu rost gap qilmoq noyat testaydi. To'g'ri. Bu rost gapni qilgandan keyin ham bu odam o'zini daldiq ilish kerak-da. Bu rost gapni men rost gapni desam, hazır kelib mesela igilik tiklaymiz emse bu şirket degan mesela men qadam olgan yo'llarninki hammani deb bersam voyjo o'zini qochuvdi ama adash shunchalik o'zini qochuvdi ma u deb bersam bu teslashkizib qo'ydi buni to'g'ri deydi to'g'ri buni voy bu teslashkizib qo'ydi buni oshirib so'zlab aytgandek bir tuyg'u berdi da falani muallim unda demagan falani muallim mandalam igilik tiklaymiz degan deydi lekin ben rastını dep bersem, turdoshlar anglamaydi. Vay bu gap qilinmayken ma adash. Ne gap qilqadish ekan bu. Aşırıvetdi deb o'ylaydi. Aşırıvetdi yoki qizg'inda, mana qizg'inish deb qo'yamiz-ku odatda. To'g'ri. Masalan, ayollar erini kullash deb qo'yganga o'xshash shundaymi unda. Menga dep bergisi yo'q meniki deydi. Lekin rost gap qilsa, mesela ben hazır igilik tikildim. Emis igilik tiklaymiz cuma tordaşlar. İgilik tiklash uchun manda qiyinchiliklarni tatishga to'g'ri keladi. Bu qiyinchiliklarga dijatni tayyorlik bormi yo desa, manga falan muallim dars o'tgan vaqtda manda so'zlamagan bunday.
Şu hem de bu hakiki iyiliktikleş degan manda oldu dese anlamaydı. Bunu anlamaydı. Şunun bilen bu ben sözlep vermeyim hiç bunu. Sözlep versem lan ya ki bir olsa bu beni yanıtlaydı. Ya bu askerin dep mi de bu ters olsun demiş kılı bu iyiliktikler. Deydi. Endi bu asan dep men dep koysam hazır mesela bu ayta asan şirketten birini nimege basыңызlam tizimga ağız qıldı. Tizimga ağızgandan keyin ertesinden başlap adam topu qabul qilmaysiz, adamlar keladi. Hemisi öy sat, maşin sat, velosiped sat dep maşina dep basыңыз. Bunu sat qıldı dese. Qurudu, qurgandan keyin 4 kundan keyin va manga meni qaslapdi. Öz vaqt test degan bo'lsa, men qilmaydim emasmi? Abdukerim kam sen mıgan bolsan men maytım va xudni dep bir tutup alğaç nima şunun qo'xshashlar öz vaqti test degan bo'lsa men qilmaydim emasmi deydi. Şuna meninki arzuyum nima degan vaqtning o'zida men buni osanmi demayman. Testmi demayman. Faqat endi arzusi bor odamga nisbatan buna ait asan. To'g'ri. Arzusi bor odamga nisbatan ait asan. Lekin arzusi yo'q odamga nisbatan buni kelib bu manda ishlasakmi yana 4 kundan keyin bu qaytqash emasmi? To'g'ri. Deydi. Shunga men bizningki nurg'un to'rdoshlar shunda savollarni so'rab ketdi. Necha pul olsa hamkorlash qiladi? Var bir deb bersangiz qanchalik pul ketadi? Mashina qilish uchun bir atoqqa pul ketamdi deb bunda so'raydi-chu. Bu ishga kelgan vaqtda bu 4-5 taqa pul ketmaydi. Bu qanchalik pul ham ketmaydi. Aldı öyle mi? Ademni körüme. Ademni körüme. Ademni körgenden keyin Adem ben işini qılalıqdek alet bolsa onun kendim biz qıpırımız bu işni. Ya bu işlerini billa qısaq boladı. Endi o yaxshi ko'rmagan bir adamning qishiga ekilib lan bunu men haqsiz qıpırma, beka qıpırma desem bu o bari bir qilmaydi-chu. To'g'ri, to'g'ri. Bari bir qilmaydi. Lekin yaxshi ko'rgan adam qanday qiladi desa, haliqa uyqu joy tanlamas, muhabbet çıra degan o'xshashlar bir ish. Shunami? Yaxshi ko'rsa, bütün kuchimiz bilan tirishimiz. Yaxshi ko'rmasak-chu desa, event topimiz uni. To'g'ri. Va bu mangsa manda mangadi. Gap qismında deydi. Gap qismanda qiladi. Deb bir muncha event topimiz uni. Undan qusur izlaymiz. Demak, yaxshi ko'rish kerak. Shunga bu şirketlininki hem de asaslık işlerimiz hem de timin nazarak çetinmeye ketip kaldık aralıkta. Yaxshi param oldu lekin. Lekin hem de ben ma köpçülükке şuna yakından turup bunda bir özününki bir ağinesini tipi varandakçı. Doğru, doğru. Altın qaytib sözlep verdim. Meninki muşu iyiliktikleş yoluğa qadam ep qağa vaqtike bir buraderimninki gepine aldın qaytib qilib berdim-chu to'rdoshlarga. Shunga o'xshash bu odam masalan meni shunda deymish. Bizning bolalar shunda deydi. Bu cho'qim cho'ng bir amaldorning bolasi. Bu cho'qim bir bayvatchining bolasi. Bu cho'qim odatdagi maktabni o'qimagan odam deb shunda baholarni berib o'tibdimiz-chu. Ama hech qaysi emas. Ben Ali mektepte bu okumagan. Ben bayının balısı mı emes. Emeldarının balısı mı? Emeldarının balısı mı emes. Fakat ben bir arzu ikisi. Bir arzuyum ba yaş. Ben şu arzularım ne? Emelge aşırış için tirişip atımen, küç çıkarıp atımen. Bir gün vaktim bolsa bir günlük hizmetin toluk kılıp atımen. Ama şunun o'xshash bu iyilik tiklayman men deb o'ltirib meninki bu narsam kemdi bu narsam kemdi deb ilqa ikkilinib ilqa ko'nlarda bir gap bor ilqa usurg'aqqa apeshi bahana deb shunami bahanimiz jiq deb bahana izlab bunda o'ltamasdan balki hamda shu to'rdoshlarimiz bilan birlikte yakın arlık saklapçı. Doğru. Yani bu tordişimiz müşya doltağandakla. Hemen maya doltağandakla. Da bir çay içip oturup kondaşkandak demek ki bu. Dihqançı paranlışayla. Dihqançı paranlışkanrakçı hemen. Dihqançı paranlışayla. Defem müş sorunna müşündak bir paqıldık. Bək yaxşı boptu Hasan cavab bəndi. Mən bugün rasınızdan qaytadan bir düşəndim-cü sizni. Neçə vaxtım şu Daxmaydan fəaliyyətlərini kördüm. Anca-mınca paranlarga qulaq sağan buldum.
Şu jarayonda men his qilgan, balkim har qitimliq faoliyatda bir yangi turini qilib, shu orqali vakolatchi qabul qilib, shu jibolardan shundoq foydalanyapti deb menda o'ylagandim. Ammo bugun men parang serish jarayonida men shuni his qildim. Siz oldida o'zingizning eng samimiyligi bilan, eng chin yaqin aloqaga uchrashish istagingiz bilan arzusi bor bir tirishchan bir odam ekanligingizni oldi bilan to'rdoshlarga o'zingizni bir shu holatda bir namoyon qilish, uning keyindan do'st tepish orqali o'zingizga o'xshash arzusi bor bo'lgan kishilarni atrofingizga jam qilishdan iborat mana bu ideyani tushundikchi. Shu. Masalan, gapingizni bilib o'tib qoldim. Ma bugun bek xushal Masalan, mushu hozirgi mushu ishlarni misol olsak, qanchalik pul topsiz deydi-ku meni. Nurg'un to'rdoshlarimiz so'raydi. Qanchalik pul topsiz deydi. Men pul tepishni o'ylagan bo'lsam, men qilmaydim mashina. Agar men 100 ming ko'y mablag' soldim, 100 ming ko'y ham 200 ming ko'y bo'ladi degan menda ishqa qat'iy qilmayman. Bu nima degan vaqtning o'zida bu bir xil boylik yaratish deb ataladi-ku, ma haqiqiy korxonachilikda bu boylik yaratish deb ataladi bu. Chuangzhou jiaji deymiz buni. Bu boylik yaratish degan masalan biz ma ishni shunday jamiyatdagi bir kamchilikni bayqab qoldim men. Mushu necha vaqtdan buyon men birsininki masalan bu birsininki to'g'rimidimcha masalan men hozir birsininki to'g'rimidim. Yangilik bo'ldi. Bu jamiyatda shunday bir ehtiyojni men bayqab qoldim. Men buni bayqab qoldim. Men buni o'zimning ideyasiga moslashtirib, o'zimning ideyasi bo'yicha bu jamiyatga moslashtirdim-ku buni. Jamiyatga moslashtirib boqaytam. Mushu keng xalq ommasi nihoyatda qo'laylik ishlatalayotgan buni-ku. Menda bir xil bir ehtiyojni qamdayotgan menda bir turdan birini barpo qilib chiqdim. Demak, endi bu vuja deb ataymiz-ku buni. Bahsi yo'q bu ishninki. To'g'ri. Bu ishning bahsi yo'q. Endi bu qitim mushu ish mushunda bir taraqqiy qilib ketgandan keyin çünkü mesela her kunligiga bo'lgan sodisimi hamda odamlik mesela bu vaqtda her kunligiga bo'lgan sodisninki o'zini men bir umr xajlasam bir kunlik sodisini balkim xajlab bo'lmasligim ish qolgudek darajada bo'lishi mumkin. Endi buni hozir barpo qilish bosqichi bor. Barpo qilish bosqichi. Shunga bu odatda korxonachilikni 3 turga bo'lamiz deydi Mayun. Bu birinchisi Şıngiyerin sodga. Ya ticaretçi. Şıngiyerin degeni ticaretçi. Ticaret kılgan ticaretçi. İkincisi Şangren. Üçüncüsü Çiyeca dedi. Ticaretçi, sodigar, karxanachi. Ticaretçi, sodigar, karxanachi. Odatda men ko'p qism karxanachilar karxananing ismini bilib beshiga Qilayotgan ishi sodigarlarni. Qilayotgan ishi sodigargin bek tushutqini bek az. Tijoratchining ishini qiladi-ku. Tijoratchining ishini qiladi. Masalan, ma tijoratchi deganimiz nimani ko'rsatdi desa pul bo'lsa qila oladi dedi. Ya'ni azroqlam pul bo'lsa, mal ekasak, satsak qil bo'ladi dedi. Ma Shangrinda Guanxi deydi. Bizning bir jamiyatda ta'sir doiramiz bo'lsa, unda bir doira masalan. Bizning to'nayotgan biletxonamiz ko'proq bo'lsa, ma Shangrinninki rolni olar ekanmiz biz. Ma Shangrin bo'lar ekanmiz. Ya'ni sodga bo'lar ekanmiz. Lekin ma korxonachi deganda buni Jago Chinxuay deb tarjima qildi-ku bu shuni. Jago Chinxuay deb nima bada. Buni ma oldin qitim men bu qaysi xatto deb nima qilsam vatanparvarlik degan xatga bundaqilaqa. Mana bir nima ekan-ku bu. To'g'ri. Masalan vatanparvar bo'lganmiz. Endi bu bak bir cho'ng bir ma'noni ifodalayotgan-ku bu. To'g'ri. Bu korxonachi mana bu jamiyatga jamiyatga shunda bir ba'zi bir ma'lumgan shunda bir masalalar bo'ladi-ku. Masalan, Mayun to'g'ri savdosini kashf qildi. To'g'ri.
bu tor savdosini geçip kıldı bu. Tor tarafdagi ehtiyojimizni qamdadi. Ma nima mahvatın bizninki sözleş jihatga. Qiyinchiligimizni hal qildi. Uningdan boshqa masalan xinda degan bo'lsak, bu xinda bizning turalg'u uyimizni hal qildi bu. Uymilik tarafda. Uymilikni hal qildi. Al venda degan bo'lsak, bu venda savdo saroyini taraqqiy qildi bu. Savdo saroy, ya'ni o'sha kishilarningki birla o'ringa kelib, masalan kino ko'rish, hammani qilayotgan bir holatni shakllantirdi. Demak, avla qanday qildi desa, o'zininki shunday bir o'yni yoki bir savdo saroyiga borgan bo'lishi mumkin. Wang Jianlining o'z vaqticha. Savdo saroyida shunday chichilango turgandan keyin to'xtadim, buni ismini venda qo'yay. Bu vendada bütün shunday hamma narsani bir yoki yig'ay. Deb o'shunda buni biz deppamida biz kelib sen mana bir savdo saroyi qurganda. Ya'ni biz kelib shu joyingga deppamiz sen bir bütün davlatimiz ichiga shunday uy sog'ganda buni deppamida. Buni faqat o'zi o'ylab chiqdi. Mayunga hech kim deppamiga. Buni ehtiyojni bayqab qoldi. Bu ehtiyojni o'zining kollastiki o'ylariga asosan, tushunchasiga asosan, bilganlariga asosan xalqni yaqindan ishlatilayotgan bir yaxshi bir savdo qilib qurib chiqib xalqga sundi. Mana xalqqa sungandan keyin masalan mayun demasmi? Agar o'z vaqtida dadam menga 5 million pul bergan bo'lsa, men atrofimda og'illarimdan 7 yurin deydi. Bir de odamni yig'ib men yibangrin deydi. Yibangrinni yig'ib men o'sha yerga qilgan bo'lsam, barigiz Alibabani quramaydi men. Deydi. Endi bunda degan nima degani desa, bu igilik tiklashda, korxona qurishda, pul tepishda, igilik tiklashda sen cho'qim hele birden bunun ehtiyojli bo'lsa, hele birden bunun ehtiyojli bo'lsa, sen mushu ehtiyojli bo'lgandan keyin sen mushuninga tirishsa deydi. Mushuni tirishganmiz biz. Ehtiyoj mavjudda. To'g'ri. Mesela bunun benim ihtiyacım yok ameliyatçı. Bu işlere benim ihtiyacım yok. Bana birden dükkan bolsa, bol özümden can yetiş için. Şuna bak. To'g'ri. Lekin bu işler bu asli yok işler bu. Bunu kurduk bu bir ihtiyaç. Yani bu işte ben terakki kılgızıma degan bir ihtiyacdan birisi şekillendi. Yani bu işlerin terakki kılgızışı için ben nurgun pulga ihtiyaclı olumen, nurgun adam küçüge ihtiyaclı olumen, iş kılıp nurgun neslerge ihtiyaclı olumen. Yani ben bu ihtiyaclığını kandaş için, bu ihtiyaclığını kanday qilish uchun, yani bu ihtiyaclığını qilish uchun kanday qilaman desa, mana hozir hamma boyvachchilikni ish qilyapti, korxonchilikni ish qilyapti desa, hozir qattiq o'ltirishda qachoncha, o'ltirib shunaba. Shunaba ya. Hozir uyda orom ilyapti. Men nima ish qilyapman desa, uyimmi yo'q. Mushada o'ltirib, uyimmi yo'q. Uyimmi yo'q. Mushada o'ltirib, uy naldiki, bu uyni unutib ketdim. Yaxshi ko'rish bo'lsa kerak. Men masalani hal qilish uchun buni ya birisi deppamiga men sen mushuni cho'qim qilsa deb men jariman tushmagancha bir yerdan. Sen mushunda ish qilmasang bo'lmaydi deb men bir puxra. To'g'ri. Men bu o'zimning kuchimni yetishchilam. Birisiga qarz olib mesela shiyunka alırım, azraq qarzim bor. O qarzlarimni to'lab etsam, men normal odamcha sirtqi chiqsam. Meni bunda dadi va demaydi hech kim. Lekin men o'zim dadni o'zim hal qildim. Endi bu dadni hal qilgandan keyin, yeding yo cho'niga, cho'jiga dedi. Cho'qim ana askemchil bo'ladi, mana askemchil bo'ladi. Endi men nima ish qilaman deganda, mana bu yerda o'ltirib, Maynur xonim qatorliqlarni boshlab akilib mayaga. Endi men kim bo'layotgan shu narsalarni bir ko'pchilikka fikrlashaylik deb. Endi ko'p qism to'rdoshlarimiz ha shunda o'ylab qoladi-ku. Bu manda olib ketdi, anda olib ketdi. Shunga bu egilik tiklash ishtirok kelgan vaqtda hemen bu endi bizning cho'nglarimizning oldida azroq otqachilik qilib qo'ygan bo'lsam-mo, mayli hamda otqachilikni qilib qo'ymadik degala bo'lmaydi. Kechiraydi debmi? Kechiraydi. Mana shunday ishlar. Endi men bu to'g'ri. Shu bir kallasi ochiq ve shunda odamlarni yaxshi ko'rmaydi-ku. Shunda odamlar bilan bir fikrlashsam ekan deyman. Endi bu xildagi odamlar bilan bu topmoq yomon tezkan. To'g'ri. Topmoq ajoyib tezkan. Ideya bir yerga kelgan, orzusi o'rtaq odamlar bir yerga kelishmichi bek taslish hozir. Bek tezkan.
Mana bugün siz bilen uçraştık. Ben bu ilk doyundu. Hemen reskerimde öteyim ha. Tabii tabii. Usul oynaplam çıkkandınız öz vakitte. Usullam oynap çıkkan deyin keyin şunu öyle. Usul çok şeydi o deriz. Taza bir usulçu hanım okşaydı o bu endi. Çokum hele paranlış jarayonida bu özara bir-birimizden gepimizni tushunolmay. Tushunishmay bo'ladimi deb. Mushunda bo'lib qoladimi deb qilsak. Bu mana bugun To'g'ri, tushunish asli har bo'ldi. kundagidan bek yaxshi bo'ldi. Mana mushuning o'zimi bir tushunish. To'g'ri. Endi bu yerda qanday degan vaqtda har ikkimiz tirishayotgan bir yosh emasmi? Ekran oldida nurg'ulg'an ko'rmanlar ichida bizga o'xshash nayt güzel arzular bor, ko'rmanlarimiz bor. Shular nisbətdə aytqanchada Baydemir bo'lgan shu paranglarimiz nayt yaqin araliqdan sirdishib, mo'ngdishib, güzel arzularimiz birga kelgandek bir to'yg'uda bo'lgan bo'lishimiz mumkin. Mana bugun parangdan Ko'jan guruhini yana bir qatam tushunib o'tdim. Meningcha ekran oldiga nurg'ulg'an ko'rmanlarimiz menga o'xshash bu guruhga bo'lgan tushunchasi texmi cho'nqurlashdi deb o'ylayman. Eng muhimi Hasanjon liderga bo'lgan tushunchamiz texmi cho'nqurlashdi deb o'yildim men bugun. Kamtar, kichik bel, cho'ngchilikni yaxshi ko'rmaydigan, hamma odamni nayt kamtarlik bilan, nayt oqko'ngillik bilan o'ziga jalb qila oladigan bir yosh ekansiz. Unda bo'lsa Hasanjon lider men eng oxirida bir savol so'rayman, balkim ko'rmanlarimizdan so'rag'isi kelgandi. Abayim dedik, ma o'ng taraf, so'l taraf hozir liq to'shdichu ma turlar bilan. Mushlarning ichida hozir normal mengayotgan hozir ichilib bo'lgan turlarimiz qaysisi? Endi ichilmoqchi bo'lgan, savdogar chaqirmoqchi bo'lgan turlar qaysisi? Endi mening ichida buning ichida asosligi bizniki. Masalan bu asosan hammasi ish boshlab bo'lgan turlar-chi bu. Bu bo'sog'dan chiqib bo'ldi. Masalan Kuvjan Koji degan bo'lsak bu maxsus shu to'rning ishini qiladi-chi bu. To'r texnik shirkati bu. Bu shu bevosita xitoy qatorliqlarimiz shular qilyapti-da. Bu yo'lga chiqib bo'ldi bu. Korxonachilar klubi deganni misol olsak, endi bu korxona klubimiz bor. Ama yo'lga chiqmabdi texe. Ma yo'lga chiqmabdi. Chunki bir korxonachi mening qiyinchiligim bor deb kelib baqmadi-chu mening qishimga. Shu kelgan vaqti boshlandi daga bu xizmat. Shu kelgan vaqti boshlandi. To'g'ri. Ma gerim bo'yimlarimizmi buning tashviqotlarini, taraqqiyotlarini qilib qo'ydik, lekin yo'lga chiqmadi. Ko'jan markasida gerim bo'yimlar chiqarmoqchi bo'lyapmiz. Gerim bo'yimlar shu qiz ayollarning texmi chiroyli, texmi spirtli bo'lib ketishuncha. Dünya hanım qizlar bilan güzel tursa. Shu. Biz ham da o'xshab aytgan yeri nima desa, biz Şinjanning mahsulotlarini ishlab chiqarmoqchi. To'g'ri. Chunki Ko'jan bo'lganlik uchun-chi. To'g'ri. Biz Şinjan mahsulotlari, Şinjan materiallarini, Şinjan materiallarini, Şinjanning materiallarini ishlatib mana ishlab chiqarmoqchi. Shuni teskis qilyapti-chu bu ishlar. Hozir endi bozorga chiqish oldi turyapti da. Bo'lmasa Alloburun qilib bo'ldik. Men bek surat bektiz-chu menda. To'g'ri. Mesela Talha bazarımız işe giriş buldu. Veymeymo bunundan hazır 3 o'ringa şirketlerine içip tayyorlikni taqib buldu. Bunun aptitallarımız mı hemmisi bitip işe giriş buldu. Endi men denchini chiqarib qo'yapti bu yerga. Bu elektron, elektr. Bu hamda asosligi shu bir kelgusida hamda atogin bir televizor Bingshan qatorliq shunday elektr uskunlarine bir köpçülük lazım bo'lib qoladi. Endi buni Şinjanning degili bo'lmaydi, buni qilib olmaydi. Qilib olmaydi. Bo'lgan bo'lgan lekin to'g'ri. Texnikimiz yetishmaydi menga. To'g'ri. Lekin endi hozir chiqarib qo'yapti-dik. Nishanbada. Nishanba. Ammo Chongdianbao. Chongdianbao chiqdimi yo'qmi? Chongdianbao'ningki butun ishlarining hammasi bitib bo'ldi. Hozir shu uskunimiz qolib qoldi. Uskunimiz qolib qoldi. Shu chiqslar kankularni tashviq qilib, taqib Bu madrasasida nayt zo'r bir ehtiyoj ekan-ku hozir. Bu Chongdianbao nima? Haqiqiy xalq qulaylik yaratma deb men bu Chongdianbao'ga bek jiq jarima to'lab ketdim-ku, bek jiq pul to'lab ketdim-mi? Unda siz jarimani azaltib qilma demoqchi bu. Men shu Chongdianbao'ni shu bir kecha kunduz ishlatgan 2 oy chiqaribman shuna. Unda 2 oy, bir kecha kunduz 9 oy tejilib qoldi da. Ay bu bek yaxshi o'ylabsiz-chumi? Bir kecha kunduz ishlatgan 2 oy
chiqirib mana shunday qilib o'tay. Chunki men bek jiq ishlatgandan keyin to'rdoshlarimiz bor, unda qulaylik ishlatsin. Buni unutib qolsa 40 ko'ylik o'tolab ketgancha. Boshda bo'ldi. 40 ko'ylik qo'ygan amaliyot cho'ngdan bo'lsak, birdan cho'ngdan bo'lib keladi. Lekin shu uskuniga shunda pul to'lab ketib, shunga menga o'xshash shunday pul to'lab ketayotganlarning bir qiyinchilikni hal qilib o'tay deb buni qilib qo'ydim. Ko'jang tamoqxonasi. Bu bayam degandek poloni markaz qilib, poloni asos qilibcha. Ichki o'lkalarda ko'proq. Buni Shinjongga biz qilib olmaymiz. Shinjongda biz qil deb tursak texnikamiz yetishmaydi-cha bizga. Onun ustiga ehtiyojim baraqur yetarli. Bu yerda ehtiyojim baraqur to'shda. Buni ichki o'lkalarga, ya'ni ehtiyoji bor o'rinlarga kengaytmoqchi bo'ldik. Mesela Ko'jang yemeklik endi bu Shinjongdan chiqqan yemeklik o'g'irlik sababli. Bu hozir qilyapmiz endi bu. Mesela Huajangpian va Girim boyimlari. Ma to'te shu hozir qilyapgan ishlar. Hozir bizga ehtiyojli odamlar mavjud. To'g'ri. Hozir men o'yinda keng ko'lam tashviq qilgan shu deyman, Ko'jang yemak ishmak. Shinjongning yerlik mahsulotlari. Ko'jang zucha, mesela Ko'jang mashina ijaragarchiligi va bu eng yomon turimiz bu hozir. Taksining o'rniga chiqib olaylar deb qoldi. Shinjongdami yoki ichki o'lkada? Shinjongda. Shinjongda. Undan keyin Ko'jang mashinachiligimiz. Bu mislarning bu mashinachiligimiz burun amroq mashinam degan shu. Hamda amroq mashinamni bilmay qoldim asosan qolmagan. Buning hammasining markasi birlashib ketgandan keyin amroq mashinamni mo hamda Ko'jang qilib etdik. Bir sochdan bo'lib ketsin debchi. Onun keyin Ko'jang Luyo sayohatchilik. Ya'ni bu Shinjongning sayohatchiligini ilgari suramiz. Degan shu maqsaddan bu sayohatchilik shirkatimizni shu maqsadda qurib oldik. Bu hozir yo'lga chiqish oldida. Endi undan keyin Ko'jang uy mulkchilik, ya'ni Ko'jang Joyuan deb ism qo'yib oldik. Bu Ko'jang uy mulkchiligimiz hozir butun Shinjong ichida borchu. Meni endi buningda bak jiq pul tifket qilib bo'lmaydi. Lekin uy mulkning puli yaxshimikin deyman. Endi ben bek jiq pul tifket demiş qilib. Lekin buningga bak hurmatim bor kasbning birisi-cha bu meniki. To'g'ri. Endi hurmatim bo'lishda bu meni Urumchiga kelgan vaqtning o'zida tunji kunisi shug'ullangan kasbim bor o'sha. Meni bugungi kunga chiqqan kasb mushu. Shunga buni mayli men millioner ketay. Mayli men to'xtab qolay. Cho'qim mushu kasbni qilmayman deb bunda nima bor? Qattiq hurmatim bor. Menga shunda aqidam bor-ku, bir ishlarga aqida qilaman. Bu uyimlik kasbiga meningki shunda bir aqidam bor. Shunga buni hamma Shinjong ichidagi hamma noya shaharlarga shunda kengaytib, chunki menga o'xshash shunda balkim yana chiqish yo'lini topolmayotganlarning natijasini balkim bu uyimlikchilikka shunda bir yo'llarga boshlab qo'yishi mumkin. Chunki bu uyimlikchilik deganda buni ko'p qism odamlarningki tushunchasi xato-chu bu. Bu nima degan vaqtimizda bu mana dal shu bizningki bayam degan boylik yaratish deganga tushudi bu. Mushu boylik yaratish degan mana mushu. Masalan, bu binoning o'rnini sizga bersa, siz nimaga ishlatasiz masalan? Masalan, bino yo'q deb faraz qilib, bir faraz qiling. Masalan, o'shaning o'rnini demoqchiman. Meni nima ish qilsiz demoqchiman. Masalan, mush binoning o'rnini sizga hozir haqsiz berdi. Mushani bir siz bir yo bino salamsiz yoki uy salamsiz yoki ayvon saroy salamsiz, mayli qanday qilsangiz mayli, yo oshxona salamsiz degandek. Masalan, mushani nimaga ishlatasiz? Men shu balalar ham o'rganish qila oladigan, ham sayohat qiladigan bir o'rin salatdim. Shundan bir o'rinni qilasiz, shundami? Endi yana birisi kelishi mumkin. Bu yerda mashina to'xtash maydoni qilma deb kelishi mumkin. To'g'ri. Yana birisi kelishi mumkin, hamda har xil o'yladi keladi-ku, men yakkaga odamlar. Tomoqxonachimi ko'rgan, har xil o'rinda keladi. To'g'ri. Lekin buni bir lobanning ko'zi tushib qilib, buni bir qancha yillar burun. Hozir masalan siz degan o'rinmi babam ma beqindi-ku. To'g'ri. Ma beqindi ba. Masalan hozir biz jiboq bo'ldiq, menda o'rinni bevosita sahnani hazırladik buningda. Yataqmi ba?
Doğru. Mesela tamakxana mı var bunun içinde? Maşın toxtuş ornu mu var? Bütün nəslərin həmmisi toluq boğan maşında bir orunğa almıştırıp çıktı. Hem de bu əsli bu pulğanmaydı bu bir yana. Bu appaqlan bir yer bu şu. Bu yayına bana maşında qevet-qevetlep binasılıp çıktı. Hem de bununki mesela birinci qevetde dukan selinde desek dukan ne bir munç pul sattı. Ama ikinci qevetde azaraq buldu. Üçüncü qevetde, dördüncü qevetde, beşinci qevetde mesela. Bu 20 neçə qəvət bina bolğandan keyin bu 20 neçə qəvət bina bir əslə sizə bəzi bir işləm qılıb toxtab qalısınız bu yerdə. Doğru. Şunu qaran gözünüz mal o yetdi. bendinki kallası bək işləb getib. Bu pulni 20 neçə qatladı çö bu şunda. Doğru. Şunama bir nərsini 20 neçə həssilidir həmdə hesabda. Məsələn, hər bir qəvət çıxqandan keyin bu Doğru. nurgun həssiləndi. Mənim mavu baylıq yaratış boludu. Doğru. Mani baylık yaratış deyimiz şu. Ama da baylık yaratılgandan keyin demek mayada bina bitti şunama. Bina bitkendan keyin bir yerde nurgun meseleler kelip çıktı. Mesela bir yerde aşkhana içildi, aşkhanaga nurgun adamlar ketdi. Doğru. Yatakxana içildi, yatakqa nurgun adamlar ketdi. Doğru. Şuna oldu mu? Demek nurgun adamlarninki bir iş ornu meselesi hal oldu demeydi. Doğru. Mesela bizge okşaşmışda faaliyet kıldıqallar keldik, bizden faaliyet meselemizni hal kıldı. Buna bu cemiyetdeki bu bina qanda oldu dese, bu Ürümçide maşında binadan birisi köpeyipti o degenden keyin bu bir munç pul köpeyip kaldı şu bir yerde. Bunu ilim setim kıldıqallar payda oldu. Bunu ultrap iş kıldıqallar payda oldu. İş kılıp bir esledikki bir işletkili olmaydıqan bir ak ya. Ahir kelgende nurgun pul aylanıp kaldı. Bu yerde nurgun dukan çıktı, nurgun yatak çıktı, nurgun maşında orlar çıktı. Bu nurgun pul aylandı. Mana baylık yaratış boldu. Üyümlükçilik dal mana maşında sahaninki birisi. Mesela Şinjan'ın içinde nurgun Şinjan degan dövlətimizin altıdan bir kısmını egallaydı. Yer kölümü çoğ. Doğru. Yer kölümü çoğ. Abi yer kölümü çoğ olgandan keyin demek nurgun maşında Baylıklar. Nurgun bunda hazır akıyan taşlap koydu birisi pulganmaydı yani. Doğru. Mesela şu yerlerine faydalanıp mesela bina imaretlerini salsa her xil işlerini kısa demek ayada nurgun iqtisat berpa oldu, iqtisat payda oldu. Doğru. Pul aslında aşkıl usulda pul payda oldu şu. Hem bir bilası ilgandan keyin hem de Ürümçi keglamrak şu. Nemiş qadis Ürümçide igiz binalar var. Bu binanın içinde nurgun adamlar var. Şunama? Doğru. Hem özü arzu qilgan nurgun nesler var bunun için. Mesela bu yerde bina olmasa bizim bir yerde turamayız degan gap. Şu. Şunama? Biz bir yerde turamagandan keyin demek bu Ürümçi kelse bu appaqla mesela davançıga çıkıp koysa bir adamla mayada tuğa adaşta davançıga çıkıp koysa tuğulnamda o adam tuğulmaydı. Doğru. O adamga qanday o'rin lazım desa mana bu Ürümçiga o'xshash shundan chiroyli bino imoratlari va shundoq o'rinlar bo'lsa bu odamlar xushal-xuram o'ltirib ko'ngillik ish qila oladi degan. Demak, öy mülkninki baylık yaratışdan başqa şundan ihtiyaç qamdaydigan naydı ulug'var bir kasb ekanligini hurmatingizni tushundik lekin Hasanjon. Şuna meningki ham bu uy mulkchilikka mana shunday hurmatim bor. Rost haqiqiy his qildim. Demak, unda hozir mushu bir qator turlar asosan bozorga chiqib bo'ldi, e'lon qilinib bo'ldi. Ish kirishganlarmi ko'prakka hozir qilish oldida kelayotganlar shu yo'liqqan vaqtda boshlaymiz-da bu ishni. Bu shirkatdan bu şirketlininki mesela manda o'xshash ismdeki mesela uy mulkchilik degan shirkatni tizib ekansa ma ekranga patmaydi. Mesela o'xshamagan texim mayada mesela Paymay gonsa, Wenhua gonsa deb bir mun shirkat var-ku mesela. Shangshuining batihi. Bir dani Yanjuyandan birini qurib qo'ydim. Maxsus shu Yanju qildiqanga. Mesela Tozlu gonsumuz var. Meblağçılık şirketlerimiz mesela. Bu ya yazılmagan şirketler mi daha? Ne var? O bir unda şirketlerinin hemen yazsam ma ekran patmaydı. Patmaydı. Fakat bir hazır hem de bundaqılık mayanga app koyup tutam. Hemen kurup koydum çalık. Lazım boğa mamallam gaşidaklam ekilmen tizimiz açlam iş bütüdü. Doğru. Aniki men yana bir ishni his qilib qoldim. Siz boya cho'ngdiyan bog'ning gapini qilgan vaqtda telefonim doim unutib qolaman, mushul pul tutilib ketadigan ahvollarning oldini olish uchun shunday qildim deb.
Onundan başqa işkir өлkəyə sayahatga barğan vaxtınızda yemək-içmək qiziqish, muшу jarayonlaringizda his qildim. Yana sizning jiq ko'p planlaringiz hayotlik yo'lingizda ketib etib, yana nurg'un planlar shakllangudek sizga. Men Arzunuz men ajoyib shunda ko'p. o'zim ashunda qo'rqib qoldim-chu. Yetibdi endi. Araman olgan bir shuni deyman. Har bir bosqichda bir yangi ish bor ekan sizga. Qiyinchilik yo'liqqandan keyin lamchu. Shunga vaqtim endi. Mashundaq nurg'un do'stlarimiz amaliyotda biz tanishmaymiz-ku, shunaqa. To'g'ri. Tanishmasaqmi, buni oldi tanishmaydik-ku, shunaqa, bugun tanishdik-ku, shunaqa. To'g'ri. Benim shunda atrofimizdagi bilaninki meditda deymiz, ilhomlari odamni tirishmaydi desimi, odamni tirishqizib qo'ygan-chu. To'g'ri. Tirishmaydi desimi, voy tirishmamsa, turmamsa o'rningda. Odam tirishqizib qo'ygan. Bu shu yaqin kelgandan buyon o'zim pek xushal bo'lyapman o'zim. Burun bir xil g'uvaliqda mangandek ashunda bilinadi. Hamma yaqin kelgandan buyon bag'an sirliqi yo'llar bag'an sirliqi yaxshi bo'lyapti, natijalar chiqyapti. To'g'ri. Bizmo ig'ir, natijamo yaxshi. Shundan boshqa bir tarafdan arzu uxlatmaydi, bir tarafdan natijalar xushal qildi-da. Shuni o'zi hayotning lazzati-chu. Rost desam, kunlaringizni aytdi, ma'nilik, ahamiyatli o'tib etibdi. Undan boshqa qo'llovchilaringiz pek chiqqan-chu. Meni qo'llaydiganlar bek chiq. Bu qo'llash puli bo'lish, obro'yi bo'lish qatorliqlarga ancha bek u munosabatga emas-chu. Nima qo'llaymiz degan chaqda birinchi navbat degandek orzuyimiz o'rtaq bo'ldi. Ikkinchidan bu mijoz xaraktermi odamniki qo'llashini, ilhom berishini keltirgisi kelib turdi-chu. Shundaymi, mushu bir oy jarayonida Ko'jangoroyninki Cho'lponlar sadosi naq maydon faoliyati bo'lish jarayonlarida shuni his qildim. Sizning shaxsiy qo'llovchilaringizmi ko'pkan, ham shundaqda men qilayotgan ishlaringizga qiziqadigan, siz o'tirib qo'ygan temalarni qilg'isi bor kishilar bek ko'pkan-chu. Shuning uchun bek tez natijasi bo'lyapti bu ishlarning. Masalan, bu iqtisodning gapi chiqib qoldi. Masalan, bu ham dedim-ku men shirkatninki hozirgi shu turimizningki qimmatini. To'g'ri. Bu mening nazarimda bu bahsi yo'q buniki. Buni bahsini bir qancha 100 ming yoki bir qancha millionga buni satgan ish emas bu. Hem mesela bana bir adam badi desek ya 1 milyon berdi. Şuna ya 500 ming koy berdi. Ya ki 200 ming koy berdi. Şuna To'g'ri. Bu mening masalamni hal qilolmaydi. Hemen bunga ehtiyojlik emas. Lekin bu aslida bu pul insanlarni barpo qilmagan, balki insonlar pulni barpo qilgan-chu. To'g'ri. Demek hem de bizning kallamızda bir xil xata ko'z qarash, mushu ko'z qarash jülüplam kesse, mushu ko'z qarashning to'g'riligiga vaqtning o'zilam pul tepish uncha bola tez to'xtamaydi. Bu ko'z qarash nima degan vaqtning o'zida pul topsam, pul topmoq tezlashib ketdi degan ma'qul ko'z qarashni o'zgartib, pul topmoq, men pul topmayman, balki Mesela bir pul keşif kıldıkan ya ki manda bir işten birini ilip mağma dep. İş kılma. Manda ideyanın bir şekillengenden keyin. Doğru. Mesela pul tapıtkan adam, qanday adam desek, pul tapıtkan adam adette bir tümürçü var, ço. Tümür ilim sitim soğudusu kıldıkan bir tümürçü var. Şunama? Bu tümürçü 1 kilo tümürünü ekelse ya 2 moçen payda satıldı ya ki işip kesse bir ay koy payda satıldı. Ya ki bomsa ızık bolsun çıkıraydı. Ve şu aşınçlıklam şu paydası şu aşınçlıklam dair biraz ziyantadı tığı. Şunama? Lekin bunu bir santana işletken bir zavodga bədəğəm. Aşının tərkibi qismi tümür qoy şunama? Toğra. Bir santana işletken bir zavodga bəlsək şu 1000 kilogram tümürünü paydalanıp bizge 70 ming koy, 80 ming koyga yarayotgan bir mashinaga aylantirib ekilib bizga satuda. Şunama? Buni Bovma zavodiga bersak, Bovma zavodi 300 ming koy, 400 ming koylik mashinadan birini yasab ekilib bizga satuda. To'g'ri. Şunama? To'g'ri.
Buni velosiped zavodiga bersek, buni bir qancha ming ko'ga aylantira oladi. Amaliyotda tumir o'xshash. Lekin buni shunday bir o'xshash shakldagi bir orzudagi odamlar buni birisi ayondan bir bolqi urib, ayondan birisi bir bolqi urib degandek, eng oxirgi kelganda buni bir mang'itgan bir mashinaga aylantirib qo'ydi. Aylantirgandan keyin, demak, buningki qimmati necha 10 hissa ishib ketdi. To'g'ri, to'g'ri. Endi masalan bayon degandek, Shinjongninki Shinjong taomlari dedik. Bu Shinjong taomlari degan vaqtimizning o'zida masalan poloni misol olsak, bu poloninki yaxshi o'xshagan polo shu menimcha 15 ko'ydan 20 ko'ygacha putantiki deyman. Hozir masalan o'shalda qilamiz desak. Lekin buni ham azroq ish qo'shgandan keyin bu 50 ko'y, 35 ko'y, 40 ko'yga aylanayotgan shu bu. Yani azroq ham bunga bir ish qo'shimiz bor endi masalan shunami? Itimiz ham buni. Masalan mana bu shunga o'xshash bu bir boylik yaratish. Deb bir nim bo'ladi. Biz bu boylikni barpo qilish uchun, bu boylikni yaratish uchun biz shu sohadagi odamlarni izlashga to'g'ri keladi. Bu sohadagi odamlar bo'lmasa buni qila olmaymiz biz. To'g'ri. Bu sohadagi odamlar bo'lmasa. Mana shunda bir tariqada taraqqiy qiladi jamiyatning taraqqiyoti. Ammo bu haqiqiy korxonachilikda bu pul tepish degan narsa mavjud emas. Shirkatning guji, shuji deydigan bunday bir jillari bor-ku buniki. Shirkatning pay qimmat qancha pulga yaraydi, shirkatning bozor qimmati qancha pulga yaraydi deydigan. Endi bu pay qimmati, bozor qimmati hech qanday bir odam kelib shirkatning sizning qancha pulingiz bor, men ma shirkatga mablag' solsam bo'ldi yoki sizga pul lazım, mesela pul lazım shirkatga hech qanday odam mablag' qabul qilmaydi, hech qanday bir odam. To'g'ri. Bu shuji, guji degan nima degani desa, bu guji degani pay bahasi. Endi bu pay bahasi degani emas, mushu shirkatningki qilayotgan ish, masalan, do'yin deb bir uskuni bor hozir, hammalar nihoyat aylanmasdan bir bo'lib qoldik. To'g'ri. Mushuning qurg'uvchisi Jang Yiming buni qurish uchun bir 200 ming ko'y mablag' solmagan bunga. Bu faqat o'zining kallasidagi bir idea, bir o'y bu. Mushu o'yni bu ko'pchilikka hozir bundaqlik xabar ko'rib yo bundaqlik ko'pchilik o'ziningki masalan hammamiz bir cho'lpon hozir. Masalan men bu qanday surat yollasam bo'ladi, qanday narsa yollasam bo'ladi. Masalan buning oldida biz cho'lponlarni qanday odam cho'lpon deydik? Televizorga chiqqan odamlarni cho'lpon deydik. Shunami? To'g'ri, to'g'ri. Hozir mana hammamiz cho'lpon bo'lib ketdik. Jang Yimingning kallasida o'ylagan nima desa, moshunda bir ishdan birini barpo qilsam bo'ldi. Men buni yo birisi debpamida. To'g'ri. Yo birisi kelib o'gitib qo'ymadi. Ham buni qilgandan keyin hozir nimasini o'qisam, tarjimonini o'qisam, texi bu 2007-2008 yillarda bu texi har qaysi shirkatlarda xizmat izlab yurgan bir brother ekan shu bu. Bu 2012-yilda bir torbetni qurib, shu torbetni ashunda gulinib, bugun kunga ashunda ketdi ekan. Bu 2016-yilda qurgan shirkat shu Do'yan. 2016-yilda qurib, shunda bir qilgan bir ideyam bor, shunda bir qilgan bir ishim bor deb bu bek qiziqarli ekan-ku buningki qilgan ishi. Bir kun nima kelibdi? Poyezdga kelibdi. Poyezd stansiyasiga kelib, bilet olaman deb poyezdga kechikib qolibdi-ku ma brother. Shuning bilan bu ochiqida bu bilet olgan bir narsani yasab chiqibdi bu. Bu meni kechikizib qo'ygan ekan poyezd deb, cho'yli bilet olmay deb pastda saqlab o'tirib. Uning keyinda bu jamiyatda shunday bir kamchilikdan birisi bor ekan. Amaliyotda bu bir alaydı narsa emas bu. Bunun bir monchi mablag' solmadi, bunga yoki bir tag'ada hozir 100 mingdan ortiq xizmatchi xodimi va shirkatga aylanib ketdi o'sha. 8 yilning ichida. To'g'ri, to'g'ri. Bu do'yin qurilgan, 2016-yilda qurilgan yasab kirishtirilgan narsa bu. Bu faqat kollisda shunda hamma odamni cho'lpon qilaman. To'g'ri. Degan bir maqsad bilan bu ishlar shunda taraqqiy qilib ketdi. Bu haqiqiy korxona degan bunday haqiqiy korxona, masalan haqiqiy
ish qildigan manda korxonalarniki bu odatda shiji guji deb bo'ladi. Bozor qimmati bo'ladi buniki. Bozor qimmati degan nima desa, xalq ichidagi obrazi. Ya'ni xalq yaxshi ko'ramdi bu shirkatni. Yoki bu shirkatdan qochamdi hamma odam. To'g'ri. Bu bozor qimmati bo'ladi. Endi guji deganimiz pay qimmati. Bu shirkatninki pay qimmatini setib olsam, men hamda bozor qimmati deganda jamiyatdagi obraz, masalan, ma'lum bir cho'lponni biz nima taklif qilmoqchiman yaga. Bu cho'lponninki jamiyatda eski tuski ishi bormi yo'qmi? Taraf-turuqlarini bir qator surishti qilgan gap. Shunaqmi? Mana bu cho'lponninki bozor qimmati. To'g'ri, to'g'ri. Masalan, Abdullah Abdurim desa hamma odam yaxshi ko'radi, shunaqmi? Demak, buningki shiji, ya'ni bozor qimmatidan yuqori degan gap, shunaqmi? Ya'ni uni pay qimmati degan vaqtda buni bahs qilamiz. Bahs qilamiz. Buni bahsi degan vaqtimizda xalq yaxshi ko'rgandan keyin cho'qim buning bahsi qimmati bo'ldi. Qimmati bo'ladi buningki. Masalan, Abdullah Abdurimni taklif qildik. Demak, biz hamda endi o'zi baho qo'yib olmaydi, lekin biz buningga nima qilishimiz kerak? Masalan, ma'lum bir cho'lponni qimmatini qilish kerak. Qimmatini qilishimiz kerak. Chunki cho'lpon bo'lish uchun masalan, oz ajr singdirmaydi, shunaqmi? To'g'ri, to'g'ri. Masalan, buningki shujisi bu jamiyatdagi o'rni desa, Abdullah Abdurimni birinchi o'ringa tizsaq bo'ladi Shinjongda. Shunaqmi? To'g'ri, to'g'ri. Buningki obraz eng yuqori demak, buning bozor qimmatini yuqori degan gap. Shunday bo'landa? Onun kendi pay qimmati kelamiz. Shunaqmi? Pay qimmati deganimiz bayanqidek shunday bo'ladi. Ammo shirkatning masalan bizningki Kujang degan bo'lsak, bu Kujangninki biz oldi bilan buningki bozor qimmatini yuqori ko'tarishimiz kerak. To'g'ri. Bozor qimmatini yuqori ko'targandan keyin bozordagi qimmat nima desa, bu bozordagi qimmati atrofimizdagi odamlarningki ishlatilishi. Shu odamlar yaxshi ko'ramdi bu shirkatni. Yaxshi ko'rmamdi. Bu odamlar yaxshi ko'rgandan keyin demak buningki bozor qimmati yuqori bo'ladi degan gap. Masalan, ehtiyojli narsalarni qimmat pulga sotib olamiz, shundaymi? Masalan, olma telefoni chiqibdi desa, masalan, buning oldida anglagan bo'rikini sotib olma telefon olibdi, qo'lini sotib olma telefon olibdi, putini sotib olma telefon olibdi degandek o'xshaydi. Masalan, buningki shunday ishlatilishi yuqori bo'lgandan keyin shunday setib olgan gap. To'g'ri. Onun kendinden mesela olmanınki YB'si deb bir sasıqan bir mezgilde çıktı. Bunda sırtıdan köysek olmak okşaydı, adam bayada söz işitkan uçsa. Lekin hakik olma emas. Bunu işletkende bir xil nenşov adam şu, köngümüz bir xil yerim bulduğun gibi. Şunama? Hem bununki nima degan vaqtda buni yaxshi ko'rmaydi buni. Chunki bununki gujisi yo'q, shijisi yo'q bununki. Bozor qimmati yo'q, pay qimmati yo'q bununki. To'g'ri, to'g'ri. Bu şirketninki ana shunday qimmat bo'ladi. Bu qimmatini biz bu shirkat tuğalla bunu shakllantiramiz. Bu qimmat shakllangandan keyin buni satsak pulga yaraydi. Jamiyatda nurg'un odamlar voy ma shirkat bo'lgan, ma shirkat degan deb nurg'un odamlar olqish sadolarini yoritib ketgandan keyin demak bu shirkatninki qimmat o'rlab ketadi jamiyatdagi. Ishlatilichilik yuqori ko'tarilgan gap. Ishlatilichilik yuqori ko'tarilgandan keyin nurg'un iqtisod. Masalan, Vision degan bo'lsa, bu Visionning yo biradan imarati yo'q buningki. Ya bizga qilib bergan faqat buningki nima suv desa bir dona Renjan. To'g'ri. Bir dona Renjani suv, mana bu shu bu Renjan qo'y bu. Buni hozir masalan har qanday bir texnik odam buni qila oladi, lekin boshqa ishlatmaydi. To'g'ri. Allah bilan bozorni egallab bo'ldi. To'g'ri. Xalqning ko'nglidan cho'nqul o'rin bo'ldi. Endi hozir qanday qilamiz? Vay istep biz şapallaştın başka amal yok. Biz mi kılalaydık to'g'ri. Yani mesela şu şirket hazır şunday bir holat shakllangandan keyin shujisi o'sidi. Mesela shujisi deymiz mesela şu jamiyatda hozir shu odamlarning hammasi g'ulg'ul qo'zg'abatqini bozor qimmati bo'ladi. Bozordagi qimmat bo'ladi. Bu Kujaning bozor qimmati intayin yuqori hozir. Endi biz pay qimmatiga o'tamiz-da. Endi hozir pay qimmatiga o'tmaymiz. Vaqtning o'tishiga ergishib, biz pay qimmatiga barbara o'tamiz. Chunki hamma odam qo'lida uning keyindan mushu 5-ay, 4-ay ishida bitdi deyishibdi. Bitmadi. 5-ayda biz men bu piyimni bozorga solmoqchi. Bütün yollarning hammani qilib bo'ldim. Masalan, bu xo'sh xabarimi demaydi masalan. Bugun deyilib ketib qoldi. Aslında şükürlüğün özü dilam demek istedim.
Şunda qiziqarlıq bu cəmiyyətning. Əmma Doğru, həqiqi adətdə həm də bizningki nimacha shirkat qurish shaklimiz Eli muallimninki bir gapini anglab qolgan oldin qaytim. Gap bek uzrab ketdi bizga. Yaxshi param bo'ldi. Mushu dunyoda bütün dünyada ikki xil asat var deydi. Hasad. Asaddan ikki xili varmış. Bu ikki xil asatni unutib qolibdim. Lekin menga eng bek ta'sir qilgan 3-chi asat bor-ku bu yerda. Lekin Şinjangda 3 xil asat var deydi. Bana bek ta'sir qilgani ma 3-chi asat-ku. Bu 3-chi asatga Eli muallim Uyg'urcha asat deb ism qo'yib qo'ydim deydi. Bu Uyg'urcha asat degan qanday asatga desak, endi Uyg'urcha asat deganimiz men erishmagandan keyin sen erishsang bo'lmaydi. Mana degan asatni biz Uyg'urcha asat deykenmiz. Ma bütün dünyada ikki xil asat var deydi. Endi men ikki xili bunday odamni aktiv energiyaga yetaklayotgan asat ekan. Lekin men 3-chi xil asatni ikki xilni unutib qilib, lekin topolmadim-ku ikkinchi qitim shu gapni. Bu 3-chi xil xatarli asatga emas. 3-chi xili shu Uyg'urcha asat dedi. Bunga hech qanday yo'q deydi men asat. Shuning bilan bu men bunga Uyg'urcha asat deb ism qo'yib qo'ydim dedi. Bu Uyg'urcha asat deganimiz nim deganga desa. Men erishmagan narsaga cho'qim sen erishmasliging kerak deb menda bir xil asat bor dedi. Menda bir xil asat bor dedi. To'g'ri. Shuningdek endi mayliqi korxonam bor, shundaq endi men Uyg'urcha korxona deb qo'ydim-ku bunga ismida. Men qilamagan sen qilama degandekmi? Ya'ni men Uyg'urcha korxonalar menda bo'ladi. Uyg'urcha korxonalar Mesela aldın qitim mu Şangyi moş söz aytqanlardan bir mun Şangyi moş söz aytqanlar paydo bo'ldi-ku, muallimlar. Vay planı muallim, pistani muallim deb o'ziga taxallusni ajoyib yo'g'on qo'ydi bu muallimlar. Buni qo'yib, shunda bir so'zlab o'tdi. Shu muallimlar shunda deyotdi. Siz tirishishning o'rni yo'q. Siz tirishmasangiz bo'ladi. Siz tirishmasangiz bo'ladi. Siz men igilik tiklaydim, uni qildim, buni qildim deb tirishmasangiz bo'ladi. Men sizga bir yaxshi apchil chaqirdim, birini o'rgatib qo'yay. Beidu o'z vaqtida Google'ni do'rab, Jungoga birini ashunga mofansni kelib, Beidu igilik tikildi. Ya mashunninkini, Amazon deganninkini, Alibaba kelib, u igilik tikildi. Yana birisinikine kelib, birisi igilik tikildi. Yana birisinikine kelib, birisi igilik tikildi. Mana bu shunday igilik tikilgan ish deganda bu do'ramchiliklar qilib siz bir ishdan birini birisi qilayotgan bo'lsa, siz ashuna kelib do'rablam qilsangiz, ertasidan boshlab natija qozonsiz. Natija qozonsiz. O'zingiz nima qilasiz deb, men o'qituvchi deb tug'an odamninki qilgan gapim bu. Asta. O'qituvchi men deb tug'an odamninki qilib yurgan gapi. Endi qarashlamchiqa. Uyg'urcha asat deganim, mana Uyg'urcha shirkat qurish deganimiz, mana shuni biz Uyg'urcha shirkat qurish deymiz-ku. Ya'ni aldı qaytim Liu Changdong'u bir qaytim deb saldı buni. Yo'tayrin deyken, yo'tayrin degani, men tarjima qilsam, mushu bizningki nimamizda bir millat var. Yahudi. Yahudi deykenmiz bularni. Bu Yahudilarning tijorat prinsipi deganda, mushu Liu Changdong, Jingdong to'rining qurg'uvchisi Liu Changdong. Shunday tasvirlab berdi-ku. Bu Liu Changdong dediki, Yahudilardan, yo'tayrindan birisi ma'lum bir yo'l ig'izga yoki ma'lum bir shaharga joyuzandan birini qursa, yoki ma'lum bir yerga joyuzandan birini qursa dedi. Qursa, beqiniga mashina yurgizgan o'rin. Bunun beqiniga mashina asrayotgan o'rin, uning beqiniga mashina remont qilgan o'rin, uning beqiniga oshxona qatorliqlarni qurib, bu 2-3 yil qolmaylam bazar qilib o'tdi. Bu qaynoq bazarning birini shakllantirib o'tdi deydi. Shakllantirib o'tgan avul dedi. O Jungocha so'zladi-ku. Endi bizning ma Jungoda deydi. Endi bizning buni bizning ma Şinjangda desak, masalan,
Uyghur şirketinden gepim şu. Mesela birisi Cayüzen'den birini kurdu, bu pul tefik etti şuna va. Oң beqiniga birini kurdu deydi o, sol beqiniga. Oldığı birini, kenigi birine. Bütün yanın hemmigi Cayüzen qilib o'timiz deydi. Cayüzen qilib o'timiz deydi. Çünkü pul tefik etti o. Cayüzen kursa pul tap qilib o'tqa o'xshaydi, pulni jiqtab qilib o'tqa o'xshaydi. Endi haqiqiy tijorat prinsipiga kelgan vaqtning o'zida mana bu haqiqiy tijorat prinsipi ekan. Ya'ni birisi may quyug'lik keldi. May quyug'lik kelgandan keyin demak bu yoki mashinasini yurg'izdi yoki shunaqa? To'g'ri. Bu mashinasini yurg'izgandan keyin o'xshaydi buni. O'ngishgandan keyin qo'sqachdi buniki. Qo'sqachgandan keyin uflig'is keladi, benguyan qurdi. Shunday qilib 2-3 yil qolmaylar bozor shakllanadi deydi. Lekin av jungochi dedim men, uyg'urcha dedim endi. Ashunda muallim deb ismini ashunda muallim qo'yib, muallimlar ashunda tarbiyalab turgandan keyin, demak endi bu o'sha muallimlar tarbiyalagan shu o'quvchi. Masalan, tövendikilar biz o'quvchi hisoblaymiz, tushunmi? Men masalan, shu muallimniki bir o'quvchi hisoblayman. Masalan, so'rash to'g'ri kelsa-chi. Mana shunda qilgan Shangye Moshe, ya'ni shu so'da so'zlaykan. Ya'ni shunda so'z so'zlagandan keyin endi muallimlar shunday narsalarni so'zlab yurgandan keyin endi o'quvchilardan nima amal buni ichida-chi. Bunda holat shakllanib ketgandan keyin ya men foydalanmayman, ya qarshi taraf foydalanmaydi, ya hech qaysimiz foydalanmaymiz. Bizimiz o'zaro bir-birimizning so'disini. Buzgandan keyin eng oxirgi vaqtning o'zida buningda 1-2 kilo emas, nurg'un odam ma'ni bir buzolmaydi. Ma'ni ben qo'rqmayman. Shuni men da'vatim-chi, mishaga chiqibman. Nima qilaverdim shunaba? To'g'ri. Buni qilish uchun oldikena o'ylab baqsam, har qancha milliarder trilliarder olsa-mu 5 yil vaqt ketadi shunday loyihalar qilish uchun. 5 yil vaqt ketadi. 5 yilgacha men buni mang'uz bo'limicha bir yilgacha. Men qilishni qo'rqmayman. Lekin endi shunday shundoq ishlar ko'p demoqchi. Ishlar ko'p. Shunga buni o'zaro bir-birimizningki masalan mushu biringizningki bir mashinalari bor. Men oldin qaytim 2 nap qo'ydim, endi mashina tugab ketgan deb. Bu mashinaningki ismi Daji, o'zina ait setcho kvadratga o'xshaydi, shu uyga o'xshaydi bu mashina. Mushu mashina eng tuvan bahası mesela Jiliusen, Jivubey deb 2 xil bo'linadi. Jivubeyni 2 millionga olamiz. Yo'q hozir. Jiliusenni men 2 milyon 940 ming koydan aldım 2'ne. Bu maşının aslidagi bahası 2 milyon 228 ming 800 koy. Aslidagi bahası. Bununla 720 ming koy jaja qilib aldım men aş maşinni. Baha qo'shibchi? Qandaqsiga? Endi bu maşinni olma desek yo'q o maşindan. O asosan bu jiq ishlamaydi o maşindan. Faqat cheklikdan miqdorda. Mesela aşı maşinida endi bu bir alayda maşina emas ekan. Men aytib baqdim-chi, endi bir qandaroq maşina bu desa, alayda emas, isiq baqaydi. Bir alayda emas, lekin bu cheklik miqdorda. O'zi bu ko'rimsiz set cheklik miqdorda bo'lgandan keyin shunga bu mashinaga qiziqgan odam nihoyatda bekchiqkan. Endi bizningki rayonimizningki mo'shi nimasi bo'yicha aytgan vaqtimizning o'zida mesela nurg'un mashinalarni yerimga yerim yo'q qilibchi, mesela 150 ming koy chiqarib qo'ygan bo'lsa, ba'zini 50 ming koy yo'q qilib shunda altqan mashinalar bor, e'tibor qilibchi. To'g'ri. Lekin o mashinani e'tibor qilish emas, masalan 3 oy 4 oy burun zakaz qilamiz deha. Sizga o'xshash bahoni qo'shib setib beradi. Bana shunda 700 ming koy bir mashinaning puliga odatda 700 ming koy baho qo'shdik ash mashinaga. Shunda pulga olamiz-ku ash mashinani. Endi buning sababi nimaga degan vaqtning o'zida hamda efendimlar tijoratni uquda. Marka yangi va. Odamlar-chi? To'g'ri. Marka yangi va.
marka eng olgandan keyin shunga mashina ashundoq pullar sarflaydi. Endi bizningki ma rayonlarda o'xshamaydi. Oldi deb plan ishlab chiqarishni boshlaymiz. Bizningki ma shirkatni men ashunday shirkat qurib chiqmoqchi. Masalan, Şinjan'ningki mas'uliyatlarini olma degan odam bilan yo'q. Paydu saqlab olgan, lekin sufitiga bek kuchaymas. To'g'ri. Sufitiga bek kuchayib, shundoq bir holatni shakllantiramiz. Bugun sizni mo bekchiq gap so'zlatdim. Yo'q, shunday yaxshi paranglar bo'ldi, rostini aytsam, ekranda ko'raman bilan meni o'xshash deb his qilsangiz bo'ldi-ku. Tushunish hosil qilish kerak. Nayt yaxshi parangda bo'ldik. Ko'jangroyni sizni qaytadan bir tushunib chiqdik deb o'ylayman. Abaydan beri bek güzel arzu planlarni barlig'ini aytdingiz. Yig'ib kelgan chaqda ekrandagi ko'rmanlarga vakolatan, ham shundaqla o'zimga vakolatan, barliq ishchi xizmatchilarga vakolatan Ko'jangroyning bundan keyingi taraqqiyotining texmi yaxshi bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Qo'llag'uvchilaringiz bag'ancha ko'paysin. Bizning yordamimiz tegadigan ishlar bo'lib qolsa, so'zlasangiz bo'ladi. Ko'rmanlarimiz shu tapda qachon Hasanjon apandi bizni chaqirakin deb turibdi. Nurg'un uchurlar kelyapti. Shuna bo'ldimi? Nima ishlar bor deb aytdim, bir nurg'un uchurlar keldi. Ya'ni nima yangiliklar bor deb, qattiq diqqat turib aytibdi. Demak, hamda Hasanjon liderlar bo'ladi ekan, yangiliklar to'xtab qolmaydi ekan, Ko'jangroyda. Kishilarning ehtiyoji bor turlarning hammasi o'tirg'i chiqadi ekan. Menimcha, shunday bo'lgan vaqtning o'zida keyincha texnik ko'p natijalar, texnik ko'p go'zal hikoyalar barliq keldi deb o'ylayman. Unda bo'lsa bugungi naq maydon taqtish faoliyatimizni oxirlashtiraylik. Sizga rahmat. Javob sog'lik. Bo'ladi, o'sha oxirlashtirib ma'qul, salomat bo'ling. Keyingi naq maydon faoliyatga ko'rishaylik. Bo'ladi. Ma'qul, xo'sh. Ekrandagi qadrli ko'rmanlar, Ko'jan bevosita tarqatish supsi orqali bugungi faoliyatimiz huzuringizga sunildi. Mana shu qisqa daqiqadan huzurlangan bo'lsanglar, naqshlardan huzur his qilib, xush bo'lgan bo'lsanglar, bizmi qilgan xizmatimizdan rozi bo'lgan bo'lamiz. Albatta, eng oxirida Ko'jangroyning ishlarining texnik natijalik bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Barliq ko'rmanlar, tininglar salomat bo'lsin, ishlaringlar o'ngishli bo'lsin. Salomat bo'linglar. Xayr xo'sh.